televizor ko'rguvchilar, haftalik muhim xabarlar programmamizga xush keldinglar. Men programma riyosatchisi Tajalli. Tövəndə dostlar, haftalik muhim xabarlarımızda bolsun. Xitay gazetining xabariga qaraganda Nurbekri intizomga va qonunga ig'ir xiloflik qilganlik gumoni bilan tutqun qilindi. 2008 yılı 1. aydan 2014 yılı 12. aygacha Uyg'ur Avtonom rayonining raisi, 2014 yılı 12. aydan boshlab Xitoy taraqqiyot va islohot komiteti partiya gruppasining a'zosi, muavin mudiri, Xitoy energiya idorasi partiya gruppasining shujisi, idoriya boshlig'i bo'lgan Xitoydagi eng yuqori darajalik Uyg'ur amaldor Nurbekri intizomga, qonunga ig'ir xiloflik qilganlik gumoni bilan atalmış Xitoy intizom tekshirish komiteti tarafidan tekshirilyotdi. Təhlilçilərinin bildirişçə, bir Uyğur əməldar qançalik tirishçilik ko'rsatishdan qat'iy nazar, uning Xitoydagi əməldarlıq sahasida hech qanday o'rni yo'q bo'lib, Xitoy hukumatı xohlagan chaqda ularni jazolab boshqalarga ibrat qiladi. Adliya xodimlari G'uljida lagerdagilarning turkumlab kesilayotganlik xabarini inkor qilmadi. Erkin Asiya radiosining xabariga qaraganda, G'uljida yig'ib olish lageriga solanganlarning turkumlab sotlanishga boshlaganligi ilgari surilgan. Erkin Asiya radiosi muxbirlari bu xabarning tafsilotini so'rab, G'ulj shahriga qarashliq Kunas noyalik adliya idorasiga telefon qilib, yig'ib olish lageriga solanganlarning sotlanishga boshlaganligi va qancha kishiga kesilganligini surishtirgan. Ammo telefonni qabul qilgan adliya xodimlari bu masalaga davlat maxfiyatligi sifatida muomala qilgan va muxbirlarning savollarini javobsiz qoldirgan. Telefonni qabul qilgan G'ulj noyalik adliya idorasining bir xodimi noya bo'yicha tarbiyalash markazidagi qanchalik kishining sotga tortilganligi haqidagi savolga bundaq bir savolni so'rashimizning xato bo'ladiganligini aytgan. Ammo u buning qanday bir xatolik bo'ladiganligi haqida izohat bermagan. Türkiye Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-York shahrida chaqirilgan 73. navbatlik BDT umumiy kengashi boshliqlari yig'inida a'zo davlatlarning liderlariga xitob qildi. U BDT qurilmasidagi yetarsizliklarni bir-birlab o'ttirga qo'ydi va yana bir qatim dunyo 5dan cho'ngdir dedi. BDT xavfsizlik kengashi rad qilish huquqiga ega 5 a'zo davlatning manfaatlariga xizmat qiladigan, yuz berayotgan zulmlarni tomosha qilib turgan bir qurilmaga aylandi, degan Erdo'g'an so'zi jarayonida Amerika doiralarining O'rta Sharq siyosatini tanqidlab, Falastinliklarga qilingan zulmga sukut qilganlarning ularga qilingan yordamlarni to'xtatib qo'yishlari zolimlarning jasoratiga jasorat qo'shmoqda dedi. BDT'ni insoniyatning adolat umididan bayonotchisi va ijro qilguvchisiga aylantirishga chaqirgan Cumhur Reisi Erdo'g'an barliq masalalarning ijobiy dialogiya yo'li orqali hal qilinishi tarafdor ekanligini aytdi. Bu qitimliq yig'inda biz pashpanalik istavotgan Rais Tayyip Erdo'g'anning va yaqinqi kunlarda umid bilan qarayotgan Amerika prezidenti Trumpning Sharqi Turkistondagi so'yqirim to'g'risida hech qanday bir kalima so'zlamaganligi chet eldagi Sharqi Turkistonlik muhojirlarning yana bir qitim yuragini og'ritdi. Xitoy siyosiy qonun komitetining sekretari Gong Shinkun Sharqi Turkistonni ko'zdan kechirgandan keyin jazo muddatini o'tayotganlarni va tarbiyalab o'zgartirish xizmatini kuchaytirish kerak deb bildirdi. Xalqaro jamiyat Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarning kishilik huquqi dafsanda qilinishiga barg'ansir ko'ngil bo'layotgan mezgilda Xitoy siyosiy qonuniy komitetining sekretari Go Shinkun Sharqiy Turkistonni ko'zdan kechirgandan keyin jazo muddatini o'tayotganlarni va tarbiyalab o'zgartirish xizmatini kuchaytirish kerak dedi. Go Shinkun 9 oyning 17 kunidan 20 kunigacha Sharqiy Turkistonning Qashqar, Xotan qatorliq joylardagi muqimlikni saqlash o'rinlari, sud, taftish, turmalarni ko'zdan kechirgan va diniy arboblar bilan fikrlashgan va ularning o'zligidan diniy asabiylikni tugatishni talab qilgan. Hamda jamiyat amonligidagi hozirgi holatni davomli mustahkamlash kerak deb ko'rsatgan. Demak, hozirgidek Uyg'urlarning kishilik huquqi dafsanda qilinishiga xalqaro jamiyat o'rtaq ko'ngil bo'layotgan mezgildimi, Xitoy hukumatı Uyg'urlarga bo'lgan bostirish siyosatini to'xtatish tugul, texnik kuchaytirishi kishini qattiq andishiga soladi va kishilik huquqini qo'g'dash va mustaqillik musofasining uzoq so'ziladigan mushaqqatli jarayon ekanligini, muhojiratlik Uyg'urlarning texnik unumli, texnik aktiv usullarni qo'llanish kerakligini tushuntirdi. Erkin Asiya radiosi xabari. Pakistan tunji qitim Xitoyni Şinjandagi, ya'ni Sharqi Turkistondagi musulmonlarga yaxshi muomalada bo'lishga undadi.
Pakistanning bir yuqori darajalik amaldori Jungoning amaliy harakat qo'llanib Sharqiy Turkistondagi musulmon millatlarga qaratilgan qattiq bostirish siyosatini bo'shatishga undadi. Pakistanning diniy ishlar ministri Qadir Mushu hatto Jungoning Pokistonda turishliq bosh elchisi Yao Jing bilan ko'rishganda Xitoyning Sharqiy Turkistondagi siyosiy aksiga o'nim berdi. Diniy kuchlarning maydonini texmo kuchaytirdi dedi. Jungo hukumatining Şinjandagi cho'ng ko'lamli kishilik huquqni dafsanda qilish qilmishiga qarata Amerika, Germaniya hamda Fransiya qatorli g'arb davlatlari Jungoni qayta tarbiyalash lagerlarini taqashga undayotgan bo'lsa-mu, ammo ko'p qism islom davlatlari toki hozirgacha hech qanday inkos bildirib boqmadi. İran, Saudiya Arabiston, Turkiya, Indoneziya va Malayziya qatorliq davlatlarning hokimiyatlari Beijingni oshkora ayblab boqmadi. Bu davlatlar faqat Beijing bilan diplomatiya va iqtisodiy munosabatni saqlashni va texmo ilgilab hamkorlashishni o'ylab keldi. Maduroga qilingan suiqasdning parda orqasi oydinlashmoqda. Venezuela prezidenti Nicolas Maduroga suiqasd qilish urinishining orqasida 3 Latin Amerika davlati diplomatlarining rol o'ynagan bo'lishi mumkinligi ilgari surilmoqda. Llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos. Türkiye Ovozi radiosi xabarida Venezuela uchur aloqa ishlari ministrligi mas'uli Jorik Rodriguez poytaxt Karakasda bergan bayonotida Kolumbiya, Chili va Meksika elchixonasida xizmat qilayotgan xodimlarning suiqasdga o'rinlovchilarga yordam qilganligini va yoki yordam qilishni xohlaydiganligini aytganligini bildirdi. Jorik Rodriguez suiqasdga o'rinishga chetishliq nazoratga ilinganlarning birisining bayonotida hujumning parda orqasida Chili elchixonasining roli borligini imo qilganligini, boshqalarning bo'lsa Kolumbiyaga yaqin joyda tarbiyalanganliklarini e'tirof qilganliklarini qayd qildi. Jorik Rodriguez Latin Amerika davlat doiralarini bu haqda tekshirish boshlashga chaqiriq qilib, nazoratda tutib turilayotganlarning e'tiroflarini Meksika, Chili tashqi ishlar ministrligiga yo'llashga tayyormiz dedi. Venezuela doiralarining oldingi kuni suiqasdga o'rinish delosiga aloqador yana 3 kishini nazoratga olganligini uqtirdi. Kolumbiya, Chili va Meksika Jorik Rodriguezning ayblashlarini rad qildi. Venezuela prezidenti Nicolas Maduro oldingi oy poytaxt Karakasda bir murosimda nutq so'zlayotgan paytda portlatqich qachlangan uchquchsiz apparatlar bilan hujum qilingan edi. Hujumda prezident Maduro yaralanmasdan qutulib qolgan bo'lsa-mu, ammo 7 askar yordar bo'lgan edi. O'zlarini maykliq askarlar deb atashib olgan bir guruhga Twitterda e'lon qilingan uchurida hujumning javobgarligini o'z ustiga olgan edi. Yaponiya ovoz sur'atidagi tez sur'atli bomba ishlab chiqarish texnikasi ustida jiddiy tadqiqotlarni olib bormoqda. Turkiya Ovozi radiosi xabarida Yaponiya matbuotlarida e'lon qilingan xabarlarga asoslanganda Yaponiya davlat mudofaa ministrligi mas'ullari Yaponiyaning davlat mudofaa sistemalarini taraqqiy qildirish uchun yangi avlod supersonik, ya'ni ovoz sur'atidagi tez sur'atli boshqarilgan bombani 2025-yilgacha ishlab chiqarib bo'ladiganligini bildirgan. Mas'ullar supersonik, ya'ni ovoz sur'atidagi tez sur'atli bombani ishlab chiqarish uchun davlatning xamchot ajratib bo'lganligini qayd qildi. Daito Pinokyo universiteti mas'ullaridan Garrin Molloy bu yangi avlod bombining qo'yib berilgan boshqarilgan bombalar uchun loyihalanganligini aytdi. Avtomobildan atqili bo'ladigan yoki boshqarilgan bomba sistemalaridan qo'yib berilgan bu yangi bombani to'sib qilishning mumkin emasligi bildirilmoqda. Yaponiya davlat mudofaa ministrligining ovoz sur'atidagi favqulodda yuqori sur'atli boshqarilgan bomba ishlab chiqarish maqsadida 57 million dollar xamchut ajratganligi e'lon qilingan edi. Bu boshqarilgan bombalarning 2023-yildan 2025-yilgacha bo'lgan jarayonda sinov qilinishi planga ilinganligi uqtirilgan edi. Turkiya Ovozi radiosi xabari. Xitoy hukumati Amerikaning Tayvanga harbiy aeroplan setib berish planiga norozilik bildirdi. Xitoy doiralari Amerikaning Tayvanga F-16 tipli harbiy aeroplan va boshqa harbiy aeroplanlar uchun 330 million dollarlik zapas uskuni setishiga qat'iy qarshi ekanligini bildirib, bayonot e'lon qildi. Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Gin Shong Beijingda muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazganda Amerikaning qurol setish kelishimi to'g'riliq mundoq dedi. Amerikaning Tayvanga qurol setish planidan qattiq bearam bo'ldik va buni qat'iy qarshi chiqamiz. Amerikaning Tayvanga qurol setib berishning xalqaro qonuniga zid ekanligini eskartgan bayonotchi,
Bu ahvolning Xitoyning egilik huquqi va bexatarligiga ziyon beradiganligini bildirdi. Bayonotchi Gin Washington hukumatini Xitoy va Amerika birlikda imzolagan kelishimlarga rioya qilishga, ikki davlat munosabatiga ziyon yetkazmaslik uchun Tayvanga qurol setib berish planidan voz kechishga va Tayvan bilan harbiy sohadagi munosabatni uzishga chaqirdi. Bayonotchi yana Tayvanning Xitoyning ayrilmas zamin ekanligini va hech kimning Xitoyning zamin butunligi va davlat egilik huquqini qo'g'dashdek qat'iy irodasini suslashtira olmaydiganligini aytdi. Amerika Mudofaa Ministrligi bayonot e'lon qilib, Tayvanga F-16 tipli harbiy aeroplan va boshqa aeroplanlarning zapas uskunalarini setib berishga munosabatli kelishimning imzolanganligini, bu kelishimning Osiyodagi harbiy tangpungliqqa ziyon bermagan asosda Tayvanning o'zini qo'g'dash qobiliyatini oshirishda rol o'ynaydiganligi eskartildi. Amerika bir Xitoy siyosatiga asosan 1979-yili Tayvanning o'rniga Xitoy Xalq Jumhuriyatini Xitoyga vakillik qiladigan qonunliq siyosiy hokimiyat deb e'tirof qilgan bo'lsa-mu, Tayvan bilan bo'lgan munosabatni g'ayriy rasmiy shaklda davomlashtirib kelmoqda. Tayvanni uzundan buyon qo'llab kelayotgan Amerika Tayvanga har yili milliard dollarlik qurol sotmoqda. Xitoyda 1949-yili Mao Zedong hokimiyat beshiga kelgandan keyin ba'zi hukumat a'zolari Tayvanga qochib, orolda mustaqillik e'lon qildi va millatchi Xitoy nomi ostida Tayvan davlatini qurib chiqdi. Tayvanning mustaqilligini e'tirof qilmay kelayotgan Xitoy bu orolning o'zining ayrilmas zamini ekanligini ilgari surib kelmoqda. Iordaniya bosh ministri Iordaniyaning Misr va Iroq bilan iqtisodiy guruhi barpo qilishni xohlaydiganligini aytdi. Iordaniya bosh ministri Ömer Ar-Razzaq Iordaniyaning Misr va Iroq bilan iqtisodiy guruhi barpo qilishni xohlaydiganligini aytdi. Iordaniya rasmiy agentligi Petraning bu vaqtdagi xabarda ko'rsatilishicha, bosh ministr Razzaq poytaxt Ammandagi Arab ko'riki shirkati umumiy kengash yig'iniga ishtirok qilgan Misr qatnash ministri Hisham Arafat va Iroq qatnash ministri Kazim Finjan bilan ko'rishgan. Bosh ministr Razzaq 3 davlat o'rtasidagi iqtisodiy munosabatni kuchaytirishning ahamiyatini ustida to'xtalib, Iordaniya, Misr va Iroq rayonida maydonga kelgan masalalarni hal qilish uchun iqtisodiy hamkorlik guruhi barpo qilish kerak dedi. Rayondagi qatnash rasxotni azaytishning muhimligini eskartgan Razzaq monolarni dedi. Arab ko'rik shirkati yuk mashinasi bilan transport ishlarini elib berishning muhimligini to'nib yetish kerak. Navoda biz qatnash masalasini hal qilsak, 3 davlat orasidagi iqtisodiy munosabat texnik kuchaydi. Bosh ministr Razzaq Iroq Iordaniya chegarasida mal qachlangan yuk mashinalariga qulaylik yaratib berishning to'limi muhimligini eskartib, buning ikki davlat orasidagi savdoning kuchayishida rol o'ynaydiganligini aytdi. Yig'inda muzokaraga qo'yilgan Misr, Iordaniya va Iroqni bir-biriga tutashtirgan temir yo'l loyihasi ustida to'xtalgan Razzaq, bu loyiha 3 davlatning iqtisodiy butunligida rol o'ynaydi dedi. Iordaniya, Iroq va Misr tarafidan 1985-yili iqtisodiy taraqqiyotni ishga oshirish maqsadida qurilgan Arab ko'rik shirkati bu davlatlar orasida yo'lovchilar, yuk, kemisozlik va dengiz transportchilik ishlari bilan shug'ullandi. Turkiya ovozi radiosi xabari. Kanada Xitoyning Uyg'urlarga muomalasini o'zgartirishga chaqirdi. Kanada hukumat amaldorlarining bildirishicha, Kanada amaldorlari Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Nyu-Yorkdagi bosh shtabida Xitoyning Uyg'ur musulmonlarga qaratilgan zulmni to'xtatishga chaqirdi. Kanada bosh ministri Justin Trudeau Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'inidan burunqi qo'shimcha suhbatda mundaq dedi. Men har qitim dunyo rahbarlari bilan o'ltirgan chig'imda, bo'libmi insoniy huquq masalasi bor rahbarlar bilan ko'rishganda, men ularga cho'qim insoniy huquq masalasini tilga olaman. Uningdan boshqa Kanada tashqi ishlar ministri Chrystia Freeland o'zining dushanba kuni Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishganligini tilga ilib, men uningga Uyg'urlar masalasini alohida tilga oldim degan. Erkinlikda yashayotgan kishilar erkin yasholmayotgan kishilar uchun so'zlashi kerak dedi. O'tgan juma kuni Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo mundaq degan edi. 100 minglagan balki millionlagan Uyg'urlar o'z irodasiga xilof holda atalmış qayta tarbiyalash lagerlariga qamalgan bo'lib, ular bu yerda nahiyat qattiq siyosiy tarbiya va boshqa nachar xo'rlashga duch kelmoqda. Uyg'ur agentligining diqqat qilishicha, cho'ng yig'inda dunyo rahbarlarining oldida Uyg'ur masalasi texi o'tirga qo'yilmadi.
davomiga izchil diqqat qilamiz. Xalmurat Uyg'ur sayyora namoyish faoliyatini davom qilmoqda. U tashkillangan erkinlik karvoni bugun Gollandiyaga kelgan bo'lib, Gollandiyaning Amsterdam shahridagi Dam markaziy maydonida Gollandiyadagi keng xalq omilasi bilan namoyish ilib bordi. Hurmatli televizor ko'rguvchilar, bu qitimliq haftalik muhim xabarlarimiz mushu yerda tugadi. Yoqtirib ko'rganinglar uchun rahmat. Kelar qitim programda ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Assalomu alaykum qarindoshlar. Ben Finlandiyadan Xalmurat. Biz erkinlik karvanını başlap 19 sentabr Finlandiyadan başlagan yürüyüş namoyishimiz. Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda o'tdi. Bugun Norvegiyaning poytaxti Osloda bu namoyish davom qilyapti va har qaysi joylarda bu namoyishimizni tashkillab bergan va aktiv qatnashib bergan barliq qarindoshlarga men shu joyda o'zimning shaxsiy nomida va shu tashkillagan barliq qarindoshlar nomida men rahmatimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Norvegiya Uyg'ur komitetining taklifi bilan yurtdoshlarimiz bilan ko'rishish, uchrashish, suhbatlashish, oldimizda qilgan plan programmalarni muzokaralashish, shundaqla Norvegiya parlamenti hukumatlari bilan uchrashish qatorliq bir qator maqsadlar bilan Osloga kelgan. Bu yerda bizning bu Osloga kelgan vaqtimiz bilan inimiz Xalmuratning erkinlik karvanini haydab Osloga kelgan vaqti, o'qish vaqti to'g'ri kelibdi. Bu mening uchun bir talay. Bu yerda shu munosabat bilan billa xalqimizning ovozini müşahideki Norvegiya xalqiga bildirish, shundaqla müşahideki yoshlarımızın Sharq Turkiston xalqimizning irodasini dunyoga jakalash maqsadida müşahida bir namoyishda birga bo'layotimiz. Sizning balangiz Uyg'urning balasi, Uyg'urning kelajagi, hammamizning balasi. Vatanimizning kelgusi bo'lgan avlodlarni texmi yaramliq tarbiyalashga ozroq bo'lsa-mu kuch qo'sh niyatida Uyg'ur Yar Ona til televiziyasi va Uyg'ur adashlar guruhi birlashib, ikkinchi qitimliq Uyg'urim Anam temasida mukofotli asar qabul qilish faoliyati o'tkazmoqchi. Asar qabul qilish adresi uyg'uryar123@gmail.com. Mukofotlash natijasini Ona til televiziyasi va Uyg'ur Yar tor betida e'lon qilamiz. Tor bekat adresimiz www.uyg'uryar.org, www.onatil.tv.
Gollandiyaning Den Haag shahridagi Kanavay restoranimizga xush keldingiz. Restoranimiz har turli milliy taomlarimiz bilan sizni kutib oladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Haftalik muhim xabarlar programmamizga xush keldinglar aziz qarindoshlar. Bugun yuqorida sizlarga taqdim qilgan xabarlarimizning mulohazasini obzorchi Dünya Uyg'ur Qurultayining muavir raisi Farhod Yo'rinqash apandim bilan birlikda biz suhbat ilib boramiz. Hammanglarningki diqqati bizning suhbatimizda bo'lsin. Albatta burunqiga o'xshash biz davomliq sizlar bilan birlikda suhbat ilib boramiz aziz qarindoshlar. Sizlar bilan birlikda mulohiza qilishimiz, munoqish ilib boramiz, munozara qilishimiz, ilmiy, go'zal shaklda bir-birimiz bilan fikr almashtiramiz. Bu jarayonda bizningki hozir uqishmaslik bo'layotgan va jamiyatda yeyilayotgan biz javobini topolmaydigan nurg'un masalalar ustidan buning javobini tepishga tirishimiz. Men yuqorida bizningki xabarimizningki koniki bo'lgan, memini bo'lgan Farhod Yo'rinqash apandimga telefonni ulayman. Undan keyin bizning suhbatimiz davom qiladi aziz qarindoshlar. Aziz do'stlar, programmamiz ulanğıç arlıqda biz biraz saqlaymiz inşallah. Farhod Yo'rinqash apandim birazdan oldida ekranda bizning suhbatimizni saqlab turgan. Birazgacha ulanadi. Bu arlıqda bugun biz xabarimizda deb kelgan bu Nurbekirning tutilish voqeasi, uningdan boshqa Qo'ljitki lagerlar masalasi va uningdan boshqa nurg'un masalalar ustida bugun bu yerda mulohiza ilib boramiz aziz do'stlar. Men yana bir qitim o'ylab beqishga terishay. Biz naq maydondan programma qilayotganligimiz uchun ba'zi xatoliklar va yoki ba'zi masalalar ancha-muncha ko'rilib turdi. Assalomu alaykum. Farhod apandim. Elhamdülillah, ikramımız hoş geldi. Rahmet, hoş bulduk. Biraz on taraf gerek oltursa ben sizin takım iniq görüp alsam nayet yaxşı boludu. Ne tarafki bu ya? On tarafga, sizin on taraflarga boludu, yaxşı görendi. Bugün bizdinki haftalik muhim xabarlar programmamızın 3. sonini anlatgan bolduq. Bugün bir qancha muhim xabarlarni qarindoshlarimiz sunduq. Buning birinchisi Nurbekirninki tutilish voqeasi. Bu to'g'risida avval sizlarga so'z berishni xohlayman. Yana biroz o'ng taraf kerak o'ltirsa, taxim yaxshi bo'ladi. 10 cm. Rahmat, nayt yaxshi bo'ldi. Undaq o'z so'zni sizlarga bersam, bu Nurbekir masalasida buning bilan bir vatanda bir tonishliqlar bo'lganmi yoki bu to'g'risida nurg'un masalalarni bilguchi bo'lish bir suhbatlari bilan bizningki bu mulohizamizga bu yerdan kiraylik. Rahmat, Tejalli Ustaz. Assalomu alaykum ekran oldidagi Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Hammalarni salomlayman. Bayman xabarlarni diqqat bilan
görüp çıktım. Hakikaten haberler güzel bir şekilde kesbi şekilde hazırlandı. Bu haber programmasını hazırlayan, onun da ecrisini bilgen, ona takdim kılan kardeşlerimizin kendisi alayda bir 35 yıllık kesbi akırat yolu bile alayda. Rahmetini bildirmem çünkü haberler meyli logik cihetten olsun, meyli gramatik cihetten olsun, meyli sunuluş cihetten olsun, kesbi, onun için bu güzel yıllar çıkarılıp bu haberler programımızda bunu da fırsat buldum. Bu mu siz başvurulatkan bu kanalın ki akırat kıymetinin işi vatkalığını ve kesipleşik karakterizm geldiğini gösterdi. Bu sebepten sizge alaydı rahmet etmem. Ben bunun ki programlarımızı muhabbet edemem. Hem de Nurbekir meselesi kessek elbette. Nurbekir bilen biz birlikte okuduk. Bir mektepte okuduk. 3 yıl bir kazandan tamamıydı. Bilirsiniz Nurbekir'imi atalmış Şinjan Üniversitesi'deydi. Şark Türkistan Üniversitesi'ndeki siyaset fakültesinde okuyan. Menden bir 2 yıl burun bittiydi. Ben kesap bakken ben tanıyıptım sırttan. O siyaset fakültesinde okuyan, ben tıp fakültesinde okuyan. Lakin mektep bitirgen Kızılpaçak Üniversitesi zaten özümü. Ait Kızılpaçak. Zaten bir küçük balığın nemesi okudum belli oldu deydi. Onlar insanların nemesi mi? Şu burun nemesinin yaş vaktideki karakterden belli oldu ki ait Kızılpaçak birisiydi. Onundaki bu şu Kızılpaçak olduğu için Zdoyan da koydum. Özdeki şu siyasi fakültesinde Zdoyan deydi. Siyasi yetekçi. Oldu ki adamdaki bu atanmış Şinjan Üniversitesi'ndeki ittifak Nemes'teki ittifak komitesi'ninki maun başlık oldu. Aslında benimki üniversite bille aslında bir 2-3 yıl bir bille okugan ve bir kazanın tamamını yıkan bir ötmüşümüz var. Bilirsiniz mesela Nurbekir'ninki üst için ait yukarı boğan hem de hakikaten ben meyran kalan mesela Nurbekir Abdülhamid Rayı'nınki reisi o bu saylangan dinkin ben buna ait ayran kalandım. Üst için ait kapıla diyor burada hem de ait siz oldu üst için. Kendinden mesela valilik üvette belki aksoq olsa gerek. Onun dikin kendi 60 aylık partikomda aynı komitesinin azası. Onun dikin 60 aylık partikomdaki maon sekreter muhakkak reis. Onun dikin reis ait yukarı derecede üstte. Onun dikin biz bilmez 2009 yüz vergen bütün dünyanın zilzilik sağan kallık birinci 5. yıl birinci kallık. Kırgınçılığının kimi en asaslı ya da cevaplarının bir siyah olur efendi. Siz burun meselen degentiniz bu burundan Kızılpaçak bir narsa dep bu qaysi mektepte okudunuz sizler? Şinjan Üniversitesi'de koydu. Şu Şark Türkistan Üniversitesi en çoğunluklu üniversite şunun da okuduk. O siyaset fakültesinde okugan. Ben tıp fakültesinde okudum. Benden 2 yılda burun mektep biterdi. 2 yıl isimde kalışacağımdı. Ben sırttan tanıyordum bunu. Şu İgiz Gökbey'nimette. Bunun birisini tokan savaşlarım bağı deyim Amerika'da hazır belki. Birisini tokan savaşları bağı. Bilişince. Aslında Kızılpaçak biriydi. O Kızılpaçak olmasa bu Xitay Komünist Partisi Merkez Komitesi'ninki bir Uygur'un ya olmasa bir Xitay olmayan başka bir milletini bir yerde ülke derecelik, minister derecelik bir mensep otağı için nurgun sınavlarını ötürdü. Bununki 3 evladını sürüştürdü. 3 evladı da Xitay hakimiyeti karşı doğan insanlar bağımı yok. Bunu tespit kıldı. Bunun dikin avval 60 aylık partiya mektebi mahsus bunun manasını yürüdü. Bunun dikin apırıp merkezi Xitay'ınki Beijing'deki merkez partiya mektebi de apırıp üyedi manasını yürüdü. Kendi. Nurbekir'im şu ülkelerin hemisi ülken. Mahsus tahi o Nurbekir'i şu Beijing'deki merkezi partiya mektebi de aspirantlık okugan, siyasi bilimler bu hiç aspirantlık okugan hem de. Şunda kılık, nimetin egerlikten ötkizgen, katlık tekşürüşlerden ötken, demek Komünist Xitay hakimiyetini yaragan nurgun sanatlarının ötken bir hemde. Ama Nurbekir'nin kendi 60 aylık onunki reisi Ürüm şehrinin şehri başlığı oldu. 60 aylık halı hükümetinki reisi buluştum bunu. Ürüm şehrinin şehri başlığı oldu derslerde. Muşunda ait siz hem de üst için ait siz oldu.
Uningdan keyin bu Nurbekir chiqqandan keyin bu yerda bu eng bu yerda nima degan vaqtida milliy ma'rifni xitoylashtirish siyosatini favqulodda tizlatgan raislarning biri. Shu atalmish Shinjon Uyg'ur avtonom rayonining qo'rchaq raislarining ichida shu qo'shnilik ma'rif siyosatini eng qattiq kuchaytgan ve ideologiya sahasını milliy bölgünçülük qarshi turish degan shuar ostida butun bizningki shu diniy kitoblarimizni, qadimiy klassik asarlarimizni ko'ydirish, kitob qo'ydirish harakatining boshlamchilarining birisi endi. Shunun boshlamchilarining birisi. Masalan, yaqindan beri Nurbekirga chapa yapadiganlarmi chiqmadi emas chiqdi. Endi bu masalaninki xarakteri mohiyatini obdan tushunish kerak. Endi Nurbekir masalan shu bizningki Uyg'ur qizlarininki Uyg'urlarni asos qilgan, Uyg'ur yoshlarni asos qilgan, Uyg'ur qizlarininki ishkir o'lkalarga 5-chi emgak kuchlari degan nomda qalpoqda Xitoyning ishkir o'lkalariga qo'l dedaklikka tutib berilishidimi Nurbekirning cho'ng bir to'pisi bo'lgan. Bunda belgili to'p qo'shgan bir narsa endi. Mayli ideologiya asosida milliy bo'lginchilik qarshi turish hareketi nomida kitob qo'ydirish harakatlari bo'lsin, kitob klassik kitoblarni yig'ilish harakati bo'lsin, nashr qilingan kitoblarni cheklash bo'lsin, diniy e'tiqod erkinligi zo'r darajada besim keltirish, shakllantirish bo'lsin. Masalan shu Ramazonlarda Uyg'urlarninki bo'lib ish xizmatchilarininki ro'zashininki cheklanishi shu Nurbekir zamonida yuqori pallaga chiqqan endi. Bu nihoyat yuqori pallaga chiqqan. Qo'shnilik ma'rifmi shu Nurbekir mazgilida nihoyat yuqori pallaga chiqqan. Chunki o'zi Otnuraylik partikominki doim komitet a'zosi bo'lib turgan mezgilida shu rais bo'lishdan burun bu üst qurilma sahasiga mas'ul doim komitet a'zosi. Üst qurilma degan nima? Shu ideologiya sohasi endi bu. Şu nashriyat deymiz, ma'rif deymiz, madaniyat deymiz, mush sohaga mas'ul bo'lgan o'zi. Ammo bu sohadagi Nurbekir Otnuraylik rais bo'lgandan keyin bu sohalarga qaratilgan besim, ta'qib qilish, cheklash, osmonlasiyatlash, yo'qotish siyosatini yuqori pallaga chiqqan. Ya'ni kommunist Xitoy hokimiyatininki eng sodiq, ishonchli olchinlaridan biri. Siz baylab o'tdingiz, masalan, Nurbekir yaqinda poraxo'rlikka chetilib, bu yerda hozir Xitoy Kommunist Partiyasi merkezi bu inson tekshirish komiteti tarafından tekshiryapti. Hem Aydırım'dan bu Moskvadan bir yeni qaytib berishi qila o Beijing Aydırım'da demek ilangan, nazaret ilangan endi. Ama bunun bazı Uygurlarımız bunun karakteri mahiyetiga biraz hata bağlayganlar var. Bunu qandaqdir bu Uygurlar meselesiga bağlab qaraganlar var. Bu Uygurlar meselesi bilen bir alakası yok Nurbekirning tutilishi. Bu butunlayla Xitoy merkezi komitetidagi bir yerde Xi Jinping boshchiligidagi Xi Jinping guruhi bilan burunqi Jiang Zemin guruhi, ya'ni Shanxay bangdab qo'ydi, Shanxay guruhi deb qo'ydi. Bular o'tirisidagi majraninki bu qurbon endi. Chunki bu majra jarayonida bu eng chong xiyonatchilar va masalanlik Zhu Yongkang deymiz, mamlakat siyosiy qonun komitetining kimsi bo'lgan endi. Mushu Urumchi qirg'inchiligini bostirishga bevosita qo'mondonlik qilgan Zhu Yongkang deymiz, Wang Luochen deymiz. Bular hammasi Shanxay guruhining odamlari endi. Bu nima Nurbekirmi nima Wang Luochen bir qo'lliq bu Zhu Yongkanglar bir qo'lliq o'stiganda endi. Shu Wang Luochen biz tanlagan narsa. Bu Wang Luochen bo'lsin, mayli Zhu Yongkang bo'lsin, bir qancha bu cho'ng bir guruh, bularninki nurg'un iqtisodiyotdan qolgan xiyonatlari o'tirib chiqqan. Buni Xitoy Markaziy inson tekshirish komiteti ba'zilarini sotildi, bu oldu. Bu mu Nurbekirmi shular üstügen, shular bir qo'lliq tarbiyalagan ve aynı vaqtda ular Sharq Turkistonda xiyonat, cho'ng milyard yuanlik dollarlik xiyonat qilgan vaqtida shu Otnuraylikninki raisi bo'lish sifati bilan shularning xiyonatiga moslashib bergan, sharoit hazırlab bergan bir sherik endi. Shunga buni faqatla bu nuqtadan tutqun qildi. Çünkü o'zi markaziy Xitoyninki energiya idorasining boshlig'i bu ministr darajalik o'zimiz zaten. Shunga buni qandaqdir buni Uyg'urlar masalasi, voy mana Uyg'ur bo'lgani uchun bundaq tutqun qilish kuchirdi. Xitoyga mingnim qilsangmi, baribir Xitoyga yaxshilanmaysan, aqchi ko'kchi demasligimiz kerak. Nurbekir ismi Nurbekir Uyg'ur, balki tomir deyotgan Uyg'urning kanidi, ama bu tutqun qilish masalasi Nurbekirni Xitoy deb qarayman men. Buni bir Xitoy masalasi, Xitoy voqeasi deb qarasak bo'ladi. Nurbekirni yana Xitoy degan bir ko'z bilan qarasak bo'ladi deb qarayman men.
Cumhurna hergizme kandakta onun ismi karab, onun cismi karab, onun Şarkı Türkistanlık işgalliği karab durupla bunu Uygurlar meselesiga bağlap karsak bu mu hem de dereceden taşkırı bu nemege bu Uygur halkıga tükmez bala afetlerinin etkilişiga bivas sebepçi olan dumbakçılık kılgan, kaltakçılık kılgan zor bir milli münafıkka istaşlık kılgandek bir nemege çıkalımız bu mu doğru bulmaydı. Yani bunun istaçlık kılışını oylayotgan kishilarning asosliq deb qolgan so'zlardan birisi bu ayni vaqtida bir yig'in qatnashgan yig'inda Uyg'urlar Xitoy boshliqlar tarafidan qattiq nim qilgan vaqtida haqoratlanib tushirilib shunday qilingan vaqtida bu yig'inni tashlab chiqib ketgan yoki uning qarshi turgan shuningdan keyin buni Beyjingga yo'tkab ketgan degan narsani bana qilib turib shu Nurbekinninki yani buna çapa yepiş meselesi o'ttirg'i chiqib qoldi. Onun uchun bundaq bir ochiqlim bergan bo'ldi yani. Ya bu nayt hata, nayt ahmakane bir qarash deb o'ylayman. U Nurbekir Xitoy deb hisoblasak bo'ladi. Bu bir parxor Xitoy amaldor deb qarasak bo'ladi. Yani Xitoy derken bu şu simbol xarakterli Xitoy demdik ya onun o resmi Xitoymi o? O'zi hamda Uyg'ur deyli, ismi Nurbekir o'zi Uyg'ur ham millat Uyg'ur. Bu bir reallik hamda. Ama bu vaqa ning Uyg'urlar bilan, uning Uyg'urligi bilan bir aloqasi yo'q. Uning Uyg'urligi bilan hech qanday bir aloqasi yo'q. Uning Uyg'ur bo'lgani uchun uni jazolagan bir masala yo'q bu yerda. Bu Xitoyning markaziy yuqori darajalik markaziy rahbarlik qatlamidagi ikki guruh o'rtasida, masalan bu Xi Jinping hokimiyat peshiga chiqqandan keyin, masalan Xitoy ninki merkezi rehberlik sistemisi taşında her bir yeni rehberlik yeni bir avlat rehberlik oturup çıkan vaxtıda o burunkularının tesirini tazlaydı endi. Mesela bu Xi Jinping çıkandan keyin bu Jiang Zemin Guroy'ninki onun burun Hu Jintao Guroy'ninki tesirini tazlayman deb hazır iş tazlawatıdı. Ularning tesirini tazlab o'zini kuchlantiryapti mesela. Bunu o'zini kuchlantirish ularning tesirini yo'qotishning sababi nima? Yo'g'on bir shuarni ko'tarib chiqdi. Parxorluq qarıştırıyor işte. Ameliyatın maksadı parxorluq qarıştırış emas. En çok parxor şu Xi Jinping guruhu yazır. Ama şu ne bana kıttırıp bütün şu reviziya organları, kanun organları ve insan taşırış organlarını seferberlik keltirip şu nam bilen burunki Hu Jintao olsun, Jiang Zemin guruhu olsun, Şanghay guruhu, Şanghay Bank. Bular adamların tazlap özününki merkezdeki ornunu müstehkemlavatıda Nurbekir'mi şunun bir partisi. Hem de bir yerde Korçak Reis'te hakkında biraz toplaş doğru kıldı. Hem de biz şu Abdum rayonuna hazırlıkçı şu atalmış 1955 yılı atalmış Şincan Uygur Abdum rayonu degen bu kalpak bizi zorlap tanılgan deken boğan reisler var. Hem de Tuncisi Gomindan'ınki Tunci Uygur reisi Buran şeyde o Gomindan mezgilde reis boğan. Abdum rayon atalmış Abdum rayon kurulgan deken Seyfedin oldu. Onun deken İsmail Ahmet oldu, Tümür Ahmet oldu. Onun deken Abdurreşit İsmail Tılıvaldı deyimiz Nurbekir de başına keldendi. Ama bir yerde biz falanca obda reisdi, tustanca obda reisi deydiğen bir düşüncede bulmasımız gerek. Çünkü ben Şarkı Türkistan'ın özünde mesela en çok akbarat organı hesaplanılan Akmuraylık Partiyon Teşvikat Bilimi gibi vasıta qaraydım. Şimdi yakınlık radyo stansiyasida 11 yıl 12 yıl muhbirlik kıldım. Muhbirlik kılgan vaqtidim tefe partiya ve hükümet sahasıga mesul muhbir boldum. Ben o reisler bilan hammasi bilan yurib baktım. Tümür davet bilan burun nimalarga janubga tushgan vaqtda billa tushgan vaqtlarim bo'ldi. Ham shunda bu yerda hech biri histoshlik qilishga yoki ta'riflashga yoki maqtashga arziydiganlar emas. Mesela hozir keyingi mezgillar Tümür davet haqida men aytib obdan shu yozuvchilar buna ahamiyat bergan yozuvchilar nimasini qorasini sepbergan voy Mahmud Qashqarninki qabrisining qayta turg'izilishida aytib roli bo'lgan Sulton Suqbo'raqanninki qabrisining yasalishida buning cho'ng roli bo'lgan u bo'lgan bu bo'lgan 12 muqamiyatlaştır olan Akçaköksü deydi ama naayet Uygur halkıga etkileyen ziyallardan haberi yok. Ziyallardan haberi yok. Mesela Tümür Ahmet reis ottuğa vakti 1988 yılı bir yerde Uygurlar karta planlık doğu siyasını yürgüzüş kanunu
Abdurrahman Xalq Qurultayı Daim Komiteti tarafından ma'qullandi. Shu yig'in nima bor? Xalq Qurultayı Daim Komitetining yig'inida. Shu nima ma'qullangan planlıq tug'ut qonuni ma'qullangan yig'inda. Shu yerdan bor endi Temur Davomat nihoyatda ig'ir darajada bu mushuni ijro qilamiz deb shuning tarafini tutganlardan birisi. Masalan, u vaqtida Abdurrahman Xalq Qurultayı Daim Komitetining a'zolarining ichida 50 necha bo'ldi Daim Komiteti a'zolari. Shu 50 nechadan yerli qonun chiqardi. Bunun hemisi mağul nazaret derecelik. O vakilde naiti isil adamlar var o Abdurrahman Xalq Qurultayı Daim Komiteti. Siz şu işkiranın 10 tarafiga yani 5 santimetr sürülüsü oldu iken. O zaman naq meydandan bugün programı qılıp atqaçqa aldın tüzeyemmey müştaq. Mesela Hem de yaxşı boldu. Şu vaxtda Abdurrahim ötkürmüş Abdurrahman Xalq Qurultayı Daim Komitetining a'zosi İbrahim Mutilov atdı. Ya bu şunun qaraganda sizlar xili o Abdunum rayonunun reisleri bilen billa o'qigan qaraganda bu sizlar xili cho'ng o'qib dikenlar. Yani Allah saqlab diken sizlarni, ha? Ya ben şu partiya hükümet sahasıga mas'ul bo'lib bo'lgan ekan, bütün şu Abdurrahman Xalq Qurultayıning bütün yig'inlariga, siyosiy kengashining yig'inlariga, Abdurrahman partikomining yig'inlariga, harbiy rayonning yig'inlariga, Bingtonning yig'inlariga bevosita qatnashaman. Bu bütün her yıllık iki yig'indaydi. Abdurrahman Xalq Qurultayı bilan siyosiy kengashining yig'inlariga 10 yil qatnashdim va 87-yilda Rabia xonim bilan shu siyosiy kengashining yig'inida tanishdim. Rabia xonim bilan 92-yilning oxirigacha har yili şu Abdurrahman siyasi kengashininki yig'iniga Abdurrahman Xalq Qurultayiniki yig'iniga qatnashdi. Endi bu yer Temur Davomat masalasi keldi. Bu yerda 88-yilda shu Uyg'urlar qarta Sharq Turkiston Uyg'urlar qarta yerli xalq qarta planlıq tug'ut siyosatini yurgizish qonunining ma'qullanishida Temur Davomatning nihoyat cho'ng bu yerda roli bor. Men shohid bo'lgan odam. Shu yerda masalan Abdurrahim O'tkirlar boshqa bir qancha odamlar uning qarshi turdi. Bu vaqtda nihoyat sarxil odamlar bordi, qo'rqmaydigan Xitoy hokimiyatidan. Bu Xitoy hukumati o'zininki imajini yaxshilash uchun nihoyat isil odamlarni shu Abdurrahman Xalq Qurultayıning Daim Komitetininki ichiga kirib kelgan. Masalan, Abdurrahim O'tkirlar, İbrahim Mutilov, Ravaydullah, Hamdullah, nihoyat cho'ng odamlardi. Qarıştığı vaqtida buni birinchi qatim, ikkinchi qatim muzokara qilib, chunki markazdan tushgan vaqtida markazdanki nimasi u Xitoylar 3 yil burun boshladi 85-yil. Faqat buni Abdurrahman Xalq Qurultayıga bir yerde bir iltimas yollaydı memleketli planlık, memleket Xalq Qurultayı Daim Komiteti. Sizler bunu Şinjan'da sınav tariqasida, Şinjan Uyghur Rayonida sınav tariqasida yol qo'yish imkoniyatini bormi muzokara qilib beqiladi. Bu sınav tariqasida ijro qilib beqillar bu imkoniyat bormi deb o'tgan markazdan. O'tgandan keyin bu yerdan buni qat'iy ijro qilmasak bo'lmaydi deb bu qizil pochaq qilib Temur Davomat rais shu vaqtida. Qilgandan keyin bu yerda bu qattiq norozilik uchraydi ma'lum. Masalan, Abdurrahman Xalq Qurultayı Daim Komitetininki a'zolarininki norozilik uchraydi. Bu ne o'tkazilmagandiki oxiri 3-kuni markazdan bevosita Sayfiddinni taklif etildi. Bu vaqtda Wang Inmo Abdurrahman partikomininki sekretari. U Wang Inmo bir og'iz gapirmaydi, gapirish huquqi yo'q Abdurrahman Xalq Qurultayı Daim Komitetininki yig'inida. Temur Davomat hukumatga vakolatdan bütün nazoratlarning yani yig'ib yetgan vaqtida mushu Temur Davomat deymiz, Ablat Abdurishit olsun, meyli mushu Nurbekir bo'lsin, kim bo'lsin, ya'ni ancha-muncha xalqqa yaxshi ish qilgan bo'lsa-mu, bularningki xalqqa elib borgan ziyni nihoyat uchun. Ya ziyni mening demoqchi bo'lganim, men Temur Davomat misol keltirishimda, endi eng mo'tadil birisi ba'zi ahmoqdaydi, ba'zi yolg'on shoir. Bizningki vaqtimiz oz, tema nihoyat ko'p, shuning uchun har bir temani shunga men yig'in chaqlay qolasam-da, endi shu 88-yil bu planliq tug'utning siyosiyatiningki chiqishiga Temur Davomat biyatnaydı bevosita sababchi bo'ldi. Sayfiddinmi bevosita sababchi bo'ldi. Uningdan keyin Sharq Turkistonda bu milliy to'qinish, milliy isyon nimalar biz qilmadi masalan. Uningdan 2 yildan keyin bor inqilob. Demak, hech kimga, hech bir raisga, chunki Xitoy hukumati uni 30-40 algartini o'tkazdi. Bir odamni Abdurrahman Xalq hukumatining rais qilish uchun. Uningki bütün jaddi jamoatini tekshirib, pozitsiyasini tekshirib, kechidan demay tushko'datda uningdan tortib hammasini tasdiq qilib, tekshirib, %100 ishonchlikkan buning yurgi butunlay bizningki Xitoy Kommunistik partiyasi markaziy komitetilar tang so'qidi ekan deganga ishongan vaqtida uni isbotlab chiqargan vaqtida shunga uni Abdurrahman Xalq hukumatining raisi deb bekitdi. Shunga bu yerda xalqimiz buni tushunib olishi kerak, shunga subyektiv hissiyatiga birlik etmesi kerak deyman. Ularni tarixning betiga xoin, munofiq deb yozamdik. Nima deb yozishimiz lozim? Endi buni sizlar shuningki
burunqi do'st og'aynisi bo'lganligi uchun tarixiy so'rayman. shaxsdagi berilgan endi vaqtimiz emas. Bu tarixiy shaxsdagi albatta keyin vatanimiz Sharq Turkiston mustaqillikka erishgandan keyin biz o'tirib bunga rasmiy yo'sinda baho beramiz. Ammo hozirning o'zi deyalamiz, bularning hammasi millatning soqchilari, milliy munofiqlar, ya'ni kommunist Xitoy hokimiyatininki katminni yapgan qo'rchoq amaldorlar desak bo'ladi. Bo'ladi, ikkinchi masalaga kelsak, undaqda sizning nihoyat qisqa javob olaman. Sizningki Nur Bekri to'g'risida o sheksiz, shubhasiz milliy munofiq, uni hech qanday bir shaklda oqlashga bo'lmaydi. U qancha yaxshi qilsin, yomon ish qilsin, uningki millatga keltirgan ziyni o'qiyotgan chog'dan tortib qizil pochoqda deb sizlar guvohlik berdi. İnşallah bu guvohliklarga asosan biz inşallah bu jamiyatdagi insonlar Nur Bekri to'g'risida inşallah bundan keyin oqlash xarakterdagi fikrlarni diqqat qiladi deb tushunamiz inşallah. Shuna deb qarasak bo'lamdi yani Nur Bekri. Albatta. Bo'ladi, rahmat. Bizning ikkinchi xabarimiz Erkin Osiyo radiosining xabari qaragan vaqtida G'uljida yig'ilish lageriga so'langanlar şu türkümlep ötken qaydan bir silmiş o'ng tarafga 20 santimetr surilib asla bo'lmay. Ma taraf demakchimi? O'ng taraf, silning o'ng taraflari. Yana azroq. Rahmat, mushtaq mush bit o'tirib asla inshaalloh. Ma ishkiranda sal ma sol tarafga yanlar chiqmay qilib o'tibdi. Rahmat. Bu G'uljidagi bu ayrim sotlash nimadan derak beradi? Buni bir javob berib qo'ying. Mesela ben hozir diqqat qilolmadim, nima bilan bu yana bir ta'kidlab bersangiz. G'uljidagi lagerda ayrim kishilarni chiqib 500dan sotlab kesayotganligini davtibdi. Bu nimadan derak beradi? Bu birinchi savol. Ikkinchi savol, hozir ma'vu yangidan bir xabar angladik. Shu Xitoyninki bardigan bir biletlarning to'xtayotganligi, Xitoyga bardigan biletninki setilmaydiganligi, poyezdning to'xtaganligi to'g'risida. Ya'ni bu oldimizda ko'rilayotgan bu ishlar nimadan derak berdi? Bu to'g'risida bir javob berib qo'ying. Ya'ni Xitoy nima ish qilmoqchi oldimizda? Zaten bizler emas, hozir mesela bazı xalqaro huquq tashkilotlari shuni ta'kidlayotdi. Shu jazo lagerlari masalasi o'tirib chiqqandan buyon biz bu şu qarashda bazı yeterlik mutaxassislar Sharq Turkistonga bir ko'zlan ko'rib kelganlarning kimi o'rtaq ajnabiylarning o'rtaq qarashi yo'q. Xitoy ya'ni bu jazo lagerlari masalasini nihoyat planli, qadam bosqichli holda olib borgan bir harakat, cho'ng bir siyosiy suiqasd bu bevosita Xitoy markaziy hukumat tomonidan planlangan, xeyli uzun yil planlanib, anandaki ijro qo'yilgan bir harakat. Bu keng ko'lamli bir irqiy qirg'inchilikninki oldin bishorati, bu oldin tayyorligi degan. O'tganda mutaxam shu biz BDT'dagi referendumchilik qarashtirish yig'ini qatnashib ishki muzokara bo'ldi. 7-8 xalqaro huquq tashkilotlarining mas'ullari bilan, kishilik huquq faoliyatchilari bilan ularning bir qanchasi o'xshash shu fikrni o'tirib qo'ydi. Hatto shu vatanga berib ko'zlan ko'rib, toki xotangacha berib bir maxfiy doklad chizib kelgan bir Xitoymi shu o'xshash bir xalqaro kishilik huquq tashkilotiga raportman bo'lib ishlayotgan bir Xitoy ekan, shu bir maxfiy berib tekshirib kelib doklad hozirladi. Uni o'xshash shu qarashni dedim. Ya'ni oldimizda nihoyat cho'ng bir qatliam bo'lishi mumkin deganni biz masalan hozir nurg'un bishoratlar, masalan Xitoyniki odam ko'ydiradigan zavodlarni kengaytirayotganligi, tutulgan odamlarni sulaydigan o'rinlarni ko'paytirayotganligi, ham tuyuqsiz demasdan bu turkumlab bu Xitoy hukumati bu BDT'da bo'lsin, xalqaro sorunlarda mayli Xitoyniki tashqi yolg'onchi tashqi ishlar ministrligining bayonot e'lon qilganda bizning jazo lagerlari yo'q, aqchi ko'kchi degan. Ama bu bağlansır bunu kengaytib qurib hazır bunu yushiramaydigan bir holga kelib, hozir biz ularni faqat radikallikdan uzoq turish uchun ularni tarbiya, siyosiy ta'lim tarbiyalab turyapmiz, kasb o'rgatyapmiz degandek yolg'on yo'qdaq gapni ko'tarib chiqdi. Ma'lum mandiyat qoldi. Bu e'tirof qilinishi bu. Aşağıda bir jazo lagerlarininki aslında markazlarning bog'lig'ining bir e'tirof qilinishi yushiramaydigan bir holga keldi. Endi Xitoyda bu yerda masalan nurg'un nimalar bor. Vatandan chiqqanlar, ko'zlan ko'rib kelganlar, hatto tünögün mana şu bir Kazak kardeşimizin keşirmişlerini aldık aşını medikte.
Bu nayt çoğun bir erkek kırgınçılıknınki bir işareti. Şunun için bir yerde BDT'nin olsun, onundaki kopap meyli Amerika'nın olsun, hükümet olsun, Amerika parlamenti olsun veya ki Avrupa Birliği'nin olsun bu mesele bu derecede ciddi karşılanan bu meselenin ki hazır halkıranın ki en asaslı kızık teminlerinden birisi oynanıp gelişinin sebeplerinden biri mi şu dünya cemaatçiliğinin ki bu xatarni ko'rib ketganligi. Bu xatarning ularning buni qilganligining ki bir dalili deb tushunamiz buni. Shunga mushundaq bir irqiy qirg'inchilikning ki agarchanda bu masala qarta lagerlar masalasi qarta biz jiddiy bir BDT bo'lish suhbatimizdan BDT kishilik huquq komiteti va yoki BDT irqiy ayrımchilik qarashtirish komiteti va yoki Amerika parlamenti va yoki Amerika davlat ishlari komissarligi yoki Avrupa Birligi bunga jiddiy bir inkos qaytarmasak bunu Xitoyninki biz qanday qilishimiz kerak? Qirg'inchilik apirish ehtimoli borkan degan bir nimaga keldi bular endi. Ferhat efendim, yani meni to'g'ri tushunsizlar, bizning bo'lgan vaqtimiz bek chiqolmaydi. Men Amerikaning bizni aldayotganligini tushunaman. Buning qanday qaraysiz? Ya'ni bizga bu qitim Birlashmiş Millatda Trump bir yig'iz gap qilmadi va Turkiya hukumatiningki, ya'ni Turkiya raisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan efendimmi gap qilmadi. Demek ki bu biz kıyametini yaşayotimiz. Uyg'urlarning qiyameti bo'lyotidi. Dunyoning xo'jalari yoki bugun dunyoda xo'jalik qilma, adolat tiklayman, kishilik huquq saqlayman deyotgan bu davlatlar bugun mushundaq bir paytda bek nihoyat jiddiy bir paytimizda bir og'iz gap qilmadi. Bunga qanday qaraylasizlar? Amerika qanday qaraydi? Amerika bizni qanday qilmoqchi hisobda? Endi shu bir reallik shuni e'tirof qilishimiz kerak. Endi bu davlatlarningki xalqaro munosabatlar nimiz ilmi vardı. Endi har bir davlat oldi bilan o'zining davlatininki manfaatini va o'zining davlatining xalqining manfaatini birinchi o'rin qo'ydi endi. Birinchi o'rin qo'ydi. Mayli uning tashqi siyosati bo'lsin, yoki ichki siyosati bo'lsin, va yoki uningki kishilik huquq siyosati bo'lsin, boshqa ellardagi izlayotgan millatlar qarata bularning hammasi belgilik yana cho'gilab kelgan vaqtida o'z davlatining manfaati va o'z davlatining xalqining manfaatini asos chiqish nuqtasiga oldi bu jarayon qildi bu hodisalarning hammasi. Endi siz bilasiz, tuyuqsizlar albatta bu Xudoyimninki biz ko'rsatgan lutfi deb qarayman. Mushunda xalqlik bir paytda Amerika bilan Xitoy o'rtasida savdo urushining portlashi bu endi men e'tiqodida bir Allohninki bizga bir ko'rsatgan bir qulaylığı şu vatan ichida izlayotgan xalqimizga ko'rsatgan bir lutfi deb qarayman. Chunki tal mushu jazo lagerlari masalasi o'ttirib chiqib, keng ko'lamda jazo lagerlari qurilishi olib turib, odamlarni millionlab sulayotgan bir paytning o'zida Amerika bilan Xitoy o'rtasida sizningcha mushu savdo urushida bizga foyda bormi? Savdo urushining foydasini hozir ko'ryapmiz masalan. Qanday ko'rdik savdo urushining foydasini? Savdo urushini endi bu yerda gapni ochiq qilish kerak. Uyushtirishning hojati yo'q. Amerikaning Xitoyga qarshi eng chong 3 ko'ziri bor endi. Birisi Tayvan ko'ziri, Sharq Turkiston ko'ziri va Tibet ko'ziri. Bu hozir yanchiqdagi Sharq Turkiston ko'zirini chiqarib, buni butun kuch bilan ishlatyapti hozir. Masalan, u Amerikada ba'zi narsalar bizning tirishchanligimiz bilan munosabatsiz. Bizden xohlab xohlamaydiganligimiz bilan munosabatsiz. U davlatlarningki xohlab xohlamaydiganligi bilan munosabatli narsa u. Bu xalqaro munosabatlar shu. Ular bizning payimizda Sharq Turkiston ko'ziraqli, biz ulardan qanday paylaşningki texnik önümlük özümüzdeki davası için, xalqimizning go'rlik ozodlik uchun bu krizlardan Xitoy bilan Amerika o'rtasida munosabatlarningki bu nimasidan qanday paylaymiz degan masala ustida boshqa turibmiz va shunga qarata siyosat belgilar nimamizni qilyapmiz. Bunun payısını ko'rdik. Nima uchun? Hech bir zaman Amerikada hozirgacha mayli Tibetliklar haqida tamam Amerikada 90'ların başida Amerika parlamentinin Tibet Xitoy hukumati tarafidan besilingan mustamlikasilik rayonida bir qaror chiqdi, ama uningdiki yo'qdi. Bu Tibetninki nimasi haqida bir jiddiy hozirgi bizning jiddiy vaziyatimizga nisbatan Amerikaning qilayotgan fe'llari yetarlikmi demoqchiman. Aslida Amerikaning qilayotganlarini biz bilamiz, ko'zimiz ko'ryapti. Bu shu Sharq Turkiston jazolayapti. Bizning bir Alloh, bizningki bir yordamchimiz. Eng avval Alloh deymiz endi. Buningdiki o'zimizning tirishchanligi. Ammo biz yana fursatlardan foydalanamiz. Janob Alloh bergan fursatlardan unda paylanishimiz kerak.
nima bu yerda bizga nayt bir obdan fursat berdi. Bu Amerika Xitoy o'rtasidagi munosabatlarni savdo urush o'tiri. Bu Amerikaningki Sharq Turkiston ko'zlarini bu yerda o'tirg'i chiqarishi. Bu mu? Bu savdo urushi yuz bergandan keyin Uyg'urlarga bir foydali ish bo'ldimi, bo'lmadimi buni deylik. Albatta bo'ldi. Bu yerda Xitoy hozir rasmiy bir andish ichida. Xitoy masalan shunda siz boydab o'tgandek bir keng ko'lamlik bir irqiy qirg'inchilikni apirishni plan va nishon qilgan bo'lsa, hozir buningda ishkilinib qoldi Xitoy. Rasmiy ishkilinib qolgan bir vaziyatda. Hatto keyingi chekinish uchun o'ylanayotgan bir vaziyatda deb qarayman. Men chunki hozir bu Amerikada Uyg'urlar masalasi u darajada yuqori saviyada hozirgacha o'tirib qo'yilib boqmadi. Masalan, Amerikaning ma'lum prezidentining og'zidan chiqdi Xitoy rahbarlarining shu jazo lagerlari masalasida Uyg'urlar qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoiy qilmishlar uchun ular sudga tortilishi kerak. Magnitskiy qonuni bo'yicha ular Xitoyga iqtisodiy embargo yurgizish kerak deb u har haftadagidek Amerika Kengash palatasida, Avam palatasida, Amerika Davlat ishleri komissarligida Uyg'urlar masalasi haqida guvohlikni o'tish yig'inlari bo'layotdi. Texi tunogin mana xabarlardan ko'rdinglar Amerika bu kongressida maxsus yana bir guvohlik berish nimasi o'tdi. Xitoyga embargo yurgizish masalasi Oqsaroyda maxsus prezidentlik mahkamasida qanday Xitoyga qanday iqtisodiy va yoki qanday bir embargo, qanday bir jazolash tadbiri shu Uyg'urlar yurgizayotgan. Demak, Amerikaga nisbatan bizning texnik ko'p bu bizim Amerika'nınki bir yerde pozisiyası bek mühim. Çünkü nurgun devletler bulup mu Avrupa Birliği ve azad devletler garip dünyası Amerika'nınki ağzıga parayla asasiyetten. Bunların taşkı siyaseti mi? Asasen şu Amerika'nın taşkı siyasetiyle paralel geldi hazırlıkçı. Çünkü bunların hemisi Şimali Atlantik Ekte Teşkilatı yani NATO'nun azaları. Bunda bir şarayette Amerika'nınki bir yerde pozisiyası yani dünyanın soravatkan dünyadaki süper güç. Bunun pozisiyası bir yerde nurgun devletlerin cesaretlendirdi. Ve başka devletler mi? BDT'nin bazı komitelerin bundan cesaret aldı. Elit meyli kişilik hukuk komitesi olsun, meyli irqi ayrımcılık karıştırış komitesi olsun, meyli Avrupa Komisyonu ya ki Avrupa Birliği olsun, bunlar hemisi Amerika'nın bu pozisyonundan cesaret aldı. Hem bu Amerika başta bütün dünya matbuatlarında bu ceza lagerleri meselesini Amerika'nın asas çünkü bütün dünyadaki en asas nüfuzlu medya, her dünyası akbarat vasıtaları yani Amerika'nın kontrolünde. Demek Amerika başlatmadı, nayet küçük bir, neme bir yerde halkırada, küçük bir Xitay karta, nayet kattık bir besim şekillendi. Diplomatiya. Hoş, rahmet. Rahmet, ben cevabımla... O Xitay'ınki etparımen, yani başlayman dep hazırlık kılıvatkan bu irqi kırgınçılığını vaqtincha to'xtatishga yoki uzatishga yoki to'xtatishga Xitoyni majbur qildi deb o'ylayman. Rahmet. Ben cevabını aldım. Demek ki Amerika'nın hazır samimiyetiga ishinib tursak bo'ladi degan javob. Albatta paylansak bo'ladi, paylaşishimiz kerak. Biz nima ish qila olamiz? Biz hozir mundaq Ferhat efendim, yani meningki bu savolni o'tirib qo'yishim hargizmi Amerika biz uchun bir qadam tashlamadı demoqchi emas. Hozir xalqaro vaziyatda bizning yaqinqi 15-20 yil mobaynida eng yaxshi vaqtga kelgan vaqtlarimiz deb o'ylayman xalqaro siyosatda. Ama bu vatanimizdeki bu ciddi ahvolga nisbatan faqat yeterlik emas. Masalan, bir uy o'rilib ketyapti. Biz adam qutqizdigan adamdan ya birisi ya ikkisi turdi bu yerda. Ammo bu yerda 50-100 bo'lish lozim, nurg'un ish qilishimiz lozimda. Ammo biz yo'llanilish xarakteriga tushib qolmasligimiz uchun, ya'ni Amerika qilyapti-ku, namoyish qilyapmiz-ku, karvonda menyapmiz-ku, so'zlayapmiz-ku, Facebookda gap qilyapmiz-ku degandek shundaq narsalar bilan biz vaqiflanib qolsak, xalqimiz hayoti qirilib ketaverdi. Shuning uchun men ansirayapman, cho'ng davlatlardan ansirashga boshladim. Bo'libmi Amerika agar bizni vaqti kelsa tijoratda foyda olgan kundan tortib yana chiroyli gap bo'yicha sukut qilsa, sadrak gap bo'yicha setib o'tib qolsa bizni u vaqtida biz qanday qilamiz? Ya'ni har narsaga biz shu bilan qarashimiz lozimki bizning mustaqil nima ish qila olamiz? Uyg'urlar biz ma shaklda bo'lmaydi Ferhat efendim. Ma shaklda biz u yer namoyish qilib, u yer to'planib, so'zlab bu bizning xalqimizning qutuldirib olishiga mening shaxsan ishonchim yo'q. Ya'ni boshqa bir usul tepishimiz lozim. Ya'ni bu albatta bu biz Uyg'urlarning chiroyli bir gap bor. O'zingni chim tut, qo'shnoqni o'g'ri tutma deydigan. Biz oldi bilan o'zimizga puxta bo'lishimiz kerak. Chunki bu da'vo bizning da'vo. U vatan bizning vatan, u xalq bizning xalqimiz. Bu yerda biz shu Sharq Turkiston davosini, ya'ni Sharq Turkistonning mustaqillik davosida olib borayotgan
teşkilatlar olsun, siyasi faaliyetlerimiz olsun, cümleden bütün avam halkımız. Bu oldu bilen özümüzge tutuluşumuz gerek. Başkalardan bek çoğun tamam kılmasımız gerek. Özümüz ideya cihetten, hareket cihetten, fikir cihetten biz özümüz hazır turuşumuz gerek. Mesela vaktiyle şerait mesela ne olup hazır zaten Xitay bütün dünyaya tehdit oladı. Mesela bu yeni İpek Yolu istikraratçılık planı oturup koygan diken bu istikraratçılık planı Amerika başlığı nurgun garip devletlerine bir vasıta iqtisadi cihetler emas, siyasi cihetten mi bir yerde ciddi bir harbiy cihetten ciddi bir tehdit şekillendiriyordu ve bu Xitay'ınki bu istikraratiyasını tozuş için Amerika başçılığındaki ve onunla karşı devletlerin kendisi bir yerde el gibi birlikteydi, kolu verip ortak halde Xitay'ın bu istikratilik planını tozuş hareket kılmadı. Biz ideya cihetini teyarlık kılışımız gerek deyişimizdeki sebep bir yerde Xitay'ınki ideya cihetli teyarlık kılamdık. Tosayman desek çokum Uygurlarga tayanmay, tosayamaydı bunu. Bu Uygurlarına ait mühim bir faktör. Çünkü kaniye Şarkı Türkistan. İstikratilik Xitay'ınki yeni İpek Yolu, Kalidor'unki kaniye. Ne kaniye Şarkı Türkistan. Bunun ait mühim. Bunu bütün garip dünyası bilgilik. Mesela ötkende Xitay'ınki İçtimai Fənlər Akademisi mi? Xitay'ınki bir akademisyen bir makale elan kıldı. Hazır Amerika başçılığındaki bizge karşı şu yeni İpek Yolu istikratilik planı karıştırıvatkanlar. Şu nimeden Afganistan'dan El-Qaida'nınki bazı nimelerin ISIS'çilerini ve Şarkı Türkistan teröristlerini bu Suriye'den, Irak'tan ve başka devletlerden məxsus arıqlarla bilen mahfi Badaxshan vadisiga onandaki bu Pakistan'daki Balucun rayonlarına götkep bizning aşağıdaki transport liniyasi şehrini ötedi emdi. Xitay'nınki mush yangi İpek Yolu. Bu işencili haber mi efendim bu? Bu Xitay'ның özünün e'lon qilgan endi uni qaysi darajada Xitay'ның yozgan narsasiga ishongili bo'lmaydi, ama shu masalaning o'tirg'i chiqishining o'zimi bu yerda shamol chiqimiz daraklanishmaydi degan gap bor. Xitoy u yerda u narsani o'tirib qo'yibdi. Bizningki masalan shu Balujindagi port nimalarimiz bularning asos nishoni. Anandagi masalan Xitoy bilan Taliban bu yerda to'xtam tuzdi Beijingda masalan xabarlar bor. Xitoyninki yeni İpek Yolu transport liniyasining koridorininki bexatarligini bilibmi shu nimadiki Afg'oniston, Belojiston, Tojikiston bu nimadiki buning bexatarligini qo'g'dashni Taliban o'z ustiga oldi endi Xitoy bilan tuzgan anglashmadan. Endi bu yerda Xitoydagi bu shu Talibanga qarshi hozir shu İpek Yolu istikratilik koridorininki bexatarligini qo'g'dashga o'ddiga olgan Talibanga qarshi işsiz deymiz İslam nimasi desek uni muvofiq bo'lmaydi IShID endi DAESH mi deyli bularni aşağı yo'tkab ularga qarshi nima qilyapti deydigan analiz Xitoyning analizi endi bu masalalarimiz tasodifiy o'tirg'i chiqmaydi. Bu analizlar bo'layotgan vaqtida Amerikada tuyuqsizlar Xitoy bilan Amerika o'tirsidagi munosabatlarning bir qattiq bir nimaga tarif ko'rib bakmagan. Demek çoğunuz yani Uygurlar ideya cihetinden tayyor olup dursak bizge bir Allah bir nusret berip kalsa hemmiş biz nima uchun Şarkı Türkistan Milliy Kengashining chaqirimizni qilyapmiz. Bu yerda maqsadimiz shu, biz ideya jihatini tayyorlab vaqti kelgan vaqtida adam bizga lozim desa adam chiqarib beradigan bo'lishimiz kerak. Bizga menki bu nimamizga moslashib bersa biz uning moslashib berishiningki yollarını izleyişimiz gerek ve o zaman onunla hareket cihetten olsun, adam güçlü cihetten olsun, meyle cemaat fikir cihetten olsun her zaman onunla tayyar turuşumuz gerek. Mesela aynı vakitte haberiniz var. 60. yılların başlarında atak 70. yıllara geçe ne dedim Amerika mı bir monçe Tibet'ini apırıp Tibet'in havası okşak gidiyor Alaska mı? Kanada'ya düşüp gidiyor. Şu raylığı apırıp terbiyelep apırıp paraşütle attık onu mu Tibet'e? Vakala bo'lgan. Nima bilan masalan 52-yili Koreya urushi bo'lgan vaqtda matoyatdan Tayvanning Amerikaning elchilari berib izladi-ku shu vaqt mumkin bo'lgan Isa efendim simbol xarakterli askar. Bizni xalqaro kuchlar harbiy aeroplanlar o'tag'izib bizning bo'ynimizga paraşütlarni tengib bizning qo'limizga 46 nomerlik avtomatni tutqizib Xitoy askarlarining ustiga itish ehtimolimiz bor demoqchisiz.
Hem de bütün ihtimallarını nazardan saklı kılıp etkilmeyidu. Bayımı ben dedim hem de bu belgelik bir daire kege vakti anlaşılırken dünya cemaatçılığı. Mesela siz şark tümür meselesini bilirsiniz. Ayşe ki nazı müstakil devlet oldu Endonezya'dan bilinip çık. Bu şu vakti ben onun için netçim 50-60 bin adam Ayşe Endonezyalıkla vurup irki kırgınçılık kılıp şark tümür nurgun öttedi. Onundaki arlaştı. Onundaki mavu Darfur rayonu bilirsiniz Janubi Sudan ayrı müstakil devlet oldu. Bir yerde mi milyonlap adam kırılıp kettendi. Onundaki mavu Bosna Hersek meselesini bilirsiniz. Bir yerde mi 400 bin adam bir yerde Sırplar tarafından, Hasallar tarafından kırıldı. Bu anandaki bir yerde tunca katem bir yerde NATO Şimal Atlantik Teşkilatı kişilik hukuk, ilgili hukuktan bu yolum diyen şu anı götürüp çıkıp şu vakti de BDT'de karar alımız dese Sırbistan karşı harbi hareket yürgüsü için bir yerde Xitay bilen Rusya onun veto kıldı karşı durdu. Ya bu tarihlarını tamam ben başka tema götürme. Demek spoğunun şu şundak bir vaziyet ahvallar hemisi tarihimizde yakınki tarihimizde boğan ahvallar. Şu bir biz Uygurlar nemiş kılışımız gerek siz nait obdan dediniz. Kuşak gap bilen birbirimizin bilen kuruq gap bilen bir yere yürüp vez bilen ne hukukuşlan bu iş bitmedi. Bir yerde nait çok istikrakilik bir plan tuzuşumuz gerek ki bizim de kılalarga işlerimiz deme bir yerde Xitay'daki yeni İpekül istikrakilik planını tosuş bununla karşılamaktan devletlerle kandak masal işimiz meselesi var. Biz tosamayız biz devlet yok. Kulumuzda armiya yok. Biz tosayamayız. Ama biz paylaştık, tigişlik güçlerine hemimizden paylanırız. Bunu mesela çıkın dünya uğraştığım burun bir devletin milletten takdiri klasik uğraş arkalık bulattı. Partizanlık uğraşı, işki uğraşta arkalık, kurallık uğraşta arkalık. Bu çıkın dünya uğraştığın için yeni bir devlet, nemiz dünya vaziyeti şekillendi. Bu Peydimpe bu halkara cemaatçilikteki aralışıyla evlildiğin bu milletlerin takdir meselesi. Yani nokul aldı özünün tirişçalığı, özünün körüşü arkalıklı emez. Bulup mu soğuk uğraşıdığın için yeni bir ikinci basışlı yeni bir dünya düzeni şekillendi hazır devam kılıp. Yani müstakil hareket kılış hususiyetimiz var mı yok mu? Milletlerin takdir meselesi halkara cemaatçilik tarafından hal kılıbatıdı. Böyle Bosna'da millet nurukun sebepleri. Şuna bir yerde onun faydası yok, BDT vaganın faydası yok, Amerika'nın onda digenin faydası yok, Avrupa Birliği'nin faydası yok desek ne varız bizde baksak? Biz devlet mi? Kulumuzda kural var mı? Xitay'a biz kirelemdi, uğraşalamdı. Biz kim Xitay'ımız? Bugünkü dünyanın düzenini mi? Diye de yani halkara cemaatçilikninki. Halkara Xitay'a tesir gösterdiğin, Xitay'a bizim işlettiğin, Xitay'a ihtiyaç bulmayan, Xitay'dan korkmaydıgan devlet ve iqtisadi guruhlarga ve halkara teşkilatlarga tayinip durup özümüzden meselesini hal kılışga tirişiş. Bu real bir siyaset, real bir istikratiya dep qarayman. Elbette. Parata ben müşahidim ben 10 sektor olaylı. Yani men xalqaradagi siyosiy lobbichilik, siyosiy faoliyat, Amerikada bo'layotgan yaqindan beri qurultay ilib berayotgan faoliyatlar bo'lsin, mayli boshqa yerlik davlatlar, yerlik tashkilotlar ilib berayotgan faoliyat bo'lsin, %100 qo'llab biz o'zimiz qo'limizdan kelgan imkoniyatni chiqaryapmiz xabarlar bor. Hargizmi ko'z yummaymiz Amerikaning, Turkiyaning va Yevropa davlatlarining bizga qilayotgan siyosiy, ma'naviy yaqinqi harakatlardan biz ko'z yummaymiz. Uningda masala yo'q. Harakat uyg'onayotganligidan masala yo'q. Ammo biz xalqimizning uyg'onayotganligidan masala yo'q. Masalan, bugun Amsterdam dam maydonda Xalmurod qarindishimiz keldi, namoyishni birga qildik. U yerda inib bu programmani qilyapmiz. Har yerdan har xil shaxslar, har xil tashkilotlar chiqib mayli Dünya Uyg'ur qurultayi bo'lsin, mayli boshqa qarindoshlarimiz bak jiddiy uyg'onyapti, harakat qilyapti. Buningda masala yo'q. Ammo Xitoyning qilayotgani Xitoy o'ng'ulash desyapti. Hozir masalan har kuni yangi xabar. Hozir hamda bu 10 oyning biri poyezdni to'xtatish voqeasi nimadan derak berdi? Bu bir masala. 500 dan odamni chiqib solab kesib qilyapti. Bu bir masala. Amerikaning, Turkiyaning va islom davlatlari zodi ovoz chiqarmadi. Mushundaq cho'ng davlatlarning Birlashmiş Millatlarda kichikkina bir puritib qo'ymasligi haqiqatan bizni ansirtishi lozim va bizningki qilayotgan faoliyatimiz bilan vaqiflanib qolmasligimiz uchun yangi bir yo'l topildi. Yangi bir narsa topmasak bo'lmaydi Parata bandim. Uning uchun so'radim. Hergiz inkor qilib o'tishmoqchi so'radim. Yo'q, o deganlar to'g'ri. Mesela men dedim, ma'vuliq bizningki aldırmasdan bu şu bugünkü vatanperver yaşlarımız Finlandiya'dan geldi, yani gelip bugün Gollandiya namoyish qildi, Norvegiya qildi. Bir yerde umumizlik bir xalqninki uygun iş hareketi var. Bu bir yerde oldu bilen biz dünya cemaatçiligiga
birinchi bo'lib qilgan ishimiz nima? O'zimizning milliy irodasini ko'rsatish. Milliy irodamizni ko'rsatish. Bu milliy irodamizni nima orqali ko'rsatamiz? Norozilik namoyishlari orqali, shunga o'xshash norozilik faoliyatlari orqali, bu orqali ko'rsatamiz. Bu nimani bildirdi? Biz Xitoyning mustamlika ostida yashashni xohlamaydiganligimizni, o'zimizning taqdirini o'zimiz belgilab, ozod mustaqil yashashni xohlaydiganligimizdan iborat bu orzuyimizni, milliy irodamizni bildirish. Milliy irodani buni bildiryapmiz. Bu yaxshi bir ahvol. Masalan, ba'zilar deydi burun qurolliq harakat qilganlar undaq ziyon soldi, bundaq ziyon soldi, da'vo bo'ldi, bu bo'ldi deydi. Hamma narsaninki bir ijobiy tarafi bor. Bir masalaga bağırgan vaqtida falsafa nuqtasidan uning ijobiy tarafiga bağırış kerak, salbiy tarafiga bağırış kerak. Bu yerda ijobiy tarafi nima? Asharkatlarning hammasi mayli mag'lub bo'lsin va yoki uning natijasining qanday oxirlashishidan qat'iy nazar, bularning hammasi Uyg'urlarning milliy irodasini ko'rsatdi va Uyg'urlarningki sharoit pishbitilgan vaqtida, ya'ni sharoitni hozirlab bersa, har qanday ishni qila oladiganligini, hatto jindimi kechalaydiganligini buni isbotladi. Bu mu dunyoda xalqaro Tibet masalasi qaragan vaqtida Uyg'urlar masalasining, Sharq Turkiston masalasiningki nihoyat tez taraqqiyotida, buningki tezlik xalqarolash qadamining tezlashishida hamda bu Xitoyga qarshi strategiya yurgizayotgan davlatlarningki Uyg'urlar masalasini Tibet meselesi qaraganda texmi muhim. Ya xalqaro masalalarda Farad efendim, xalqaro masalalarda birazdan oldin nihoyat yaxshi gap qilib berdi. Biz xalqarodan hech qanday og'irlanish nimamiz yo'q. Biz nima ish qilamiz masalasi. Biz oplosing deydi ama Gollandiyada boshqacha bir amal, boshqacha bir chiqish yo'li degan so'z. Biz namoyishda hozir sınaqdan ötdük inşallah. Namoyish desek hozir ensirmaydigan bo'ldik. Adam kelamki emasmi? İmza desek mi herhalde 50% xalqimiz imza qo'yishni. Şahidlik desek hozir bir adam şahidlik video chiqargan desek temtirmay, chunki cho'nglarimizningki boshlashi bilan hammadan buni o'g'inib qilib o'tadi. Xo'sh, buningdan masala yo'q. Biz chiqish yo'li topaylik biz. Sizlar Dunyo Qurultiyining ma'mur raisi. Ya'ni bir teşkilatının ma'mur raisi şeklinde ve xalqarada hamda demaslik tegishli gap bo'lsa demisizlar. Ama xalqimizga davomliq yo'l ko'rsatadigan shaxslar bunda qolsinlar. Biz boshqa bir chiqish yo'l topaylikki biz maddatdan qutulaylik. Bizning ishimiz xatar. Farad efendim, siz bilasiz. Efendim, men bu shu sizlar bilan o'xshash hissiyotni, o'xshash tuyg'uda hammamiz haqiqatan andishi ichida hamda bu yerda biz Dunyo Qurultiyi bo'lish suhbatimizda albatta biz Germaniya qonunli qurilgan bir tashkilot avval qatimli programmamizda deb o'tdik. Bizning nurg'un planlarimiz bor. Deydigan planlarimiz var, demaydigan programlarımız var, digilib bo'lmaydigan programlarımız var. Endi bu yerda biz birazcılık mas'uliyatchan bo'lishimiz kerak. Dunyo Qurultiyining rahbarlari qonunli qurilgan Germaniya qonunli qurilgan bir tashkilot. Shunga biz hamma gapni deyolmaymiz, chunki bizning bir mas'uliyatimiz bor bu yerda. Shundoq. Mas'uliyatimiz bor. Shunga bu yerda Dunyo Qurultiyi ba'zi sabablardan taqlib ketib qolsa, bu yerda Dunyo Qurultiyining da'voning bir turiga sungan bo'ladi. Allah razı olsun. Shunga biz bunu o'ylaqliq, masalan biz akşam maxsus bir yüksek istişare nemesi içip müstil degan masalani ciddi şekilde muzokara olib bordik ve aldığımızdan bu muzokaralar bo'ladi. Albatta Dolqun reisimiz Dolqun Aysal efendimi o'tkazib berib, Amerikaninki bu Aqsaroyninki bexatarlik nemesi xodimlari bilan ko'rishib keldi. Hozir mi ko'rishyapti? Nurg'un uchrashlar masalan Umar Qanotlar bo'lsin, Nuriy Turkal efendimlar bo'lsin. Bu yerdami ya'ni Yevropa parlamentining va munosabat bo'ronlari bilan bu yerda ba'zilar hozir xalqimizning ko'rayotgani faqat bu radiolarda e'lon qilingan oshkora bir nimalar endi bu. So'ng nurg'un yaxshi ahvollar bor. Hech bo'lmaganda xalqimizga umid beraylik. Bek umidsizlanib ketdik. Yaxshi ahvollar, yaxshi yuzlanishlar bor inshaalloh. Men ishlamaymanki hozirgi bu vaziyat avval biz birinchi vazifani biz o'rinladik. Çünkü bizningki masalamizni bir sotga o'qishlaymasdan biz arz qiluvchandi. Xitoy bu yerda jinoyatchi. Bu xalqaro jamoatchilik, mayli Amerika bo'lsin, nima BDT bo'lsin yoki Yevropa birligi bu yerda sotchi deb turaylik uni. Bu yerda biz jazo arz qiluvchilar arzimiz kuchli bo'lishi kerak. Bu arzimizni nihoyatda kuchli shaklda olib bordik.
Bunun xalqaraga e'tirof qildik. Aşağıda bir iki qirg'inchilikning bo'layotganligini, zulmning bo'layotganligini, 3 milliondan ortiq Uyg'urlarning jazo lagerlarida sulinib yotganligini biz BDT'nin o'zining og'zi orqali buni e'tirof qildik. Bu bak muhimdi. Bu birinchi bosqich narsa. Biz sotchini e'tirof qildik. Sotchini ishondirdik. Endi hukm chiqarish qoldi bu yerda. Qanday hukm chiqarish bu yerda? Bu bizning ilkimizdagi ish emas, sotchining ishi. Amerika qanday nima qildi? Hozir muzokara qilyapti. Amerika hozir ichki kuchlarning yog'ini jiddiy nima taraf hukumati. Xitoy qarta mushu Uyg'urlar masalasi to'g'ri qanday bir nima berishimiz kerak. İqtisodiy embargo yurgizsak, doirasi qanday bo'ldi? Magnitskiy qonuni bo'yicha rahbarlarga nima bersak, uning doirasi qanday bo'ldi? Yevropa parlamenti birligi o'ylashayotgan bo'lishi mumkin. Bu yerda biz hammani naqd qilolmaymiz hamda. Aynan 89-yildagi Tiananmen qirg'inchiligidan keyin Yevropa birligi Xitoy qarta iqtisodiy nima qurol-yarog' embargosi, yuqori texnik embargosi yo'l qo'ydi. Bu embargo hozirgacha davom qilyapti. Shuning uchun Xitoy hukumati hozirgacha bu embargoni amaldan qoldirman deb butun Yevropa ellerida qilmagan nimasi yaloqchiligi oqish qilmadi, ammo qoldirib o'tmadi shuni. Bu Xitoyning obraziga ta'sir etyapti. Xitoy bu embargo sababidan hozirgacha 89 dan hozirgacha 29 yilgacha bu Yevropa birligi a'zo davlatlardan yuqori texnika setib olmayapti. Shuning uchun texnika jihatdan jasos qilyapti texnika o'g'irlab hozir butun g'arb dunyosida. Bu nima Xitoy andish qildi. Bu ba'zi sal qaramasligimiz kerak. Voy bu Xitoy parvo qilmaydi. Amerikanikiga, BDTnikiga, Yevropa birligiga qaqshab qo'ygani parvo qilib ketmay Xitoy degan o'zining bilganini qildi demaymiz. Chunki Xitoy bu burun Xitoy emas, ishni ichiga itib olgan Xitoy emas. Hozir Xitoy dunyo bilan tutilishib ketgan bir Xitoy. U dunyo Xitoydagi butun mayli cho'ng kichik o'rta tipli korxonalar bo'lsin, hammasi texnik jihatdan bo'lsin, mablag' jihatdan bo'lsin, bu chet el bilan tashqi dunyo bilan bu granlashib ketgan, bog'lib ketgan. Xitoyning asosiy iqtisodiy kirimni pulning hammasini chet eldan tepyapti, boshqa davlatlardan. Bu yerda u Xitoymi o'ziniki bu yerda mayli Amerikaning bo'lsin, mayli Yevropa birligining bo'lsin, bu yerda bir embargo qarorininki chiqishinidan eng qattiq andish qiladi Xitoy yerda. Qattiq andish qiladi. Bu shundan muzokaralar bo'layotdi. Bu hayotimizda bizning Uyg'urlarning milliy mustaqillik tarixida bizning milliy mujodala kurashimizda bo'lib boqmagan bir hodisalar bo'layotdi hozir. Shunga xalqimiz biraz umidli bo'lish kerak, savrchan bo'lish kerak. Har zaman o'zimizningki shu milliy irodamizni har zaman tutib turishimiz kerak. Masalan, namoyish degandek o'zimizningki jarayonlik shuvarlar orqali o'zimizning har zaman bununla hozir ishkanligimizni, o'zimizning istaklarimizni har zaman zerikmay dünya cemaatini ta'kidlab turishimiz kerakki, bu Uyg'urlar masalasining, Sharq Turkiston masalasining xalqaro kun tartibda doim izchilligini saqlashdan nihoyat muhim. Uning izchilligini saqlagan vaqtimizda uning natijasi bo'ladi. Ayni vaqtda shu Xitoy demokratlarimiz shu dastlab oqtiranmagan az qilib 89 Tiananmen qirg'inchiligidagi uningdagi xalqaro sotligini murojaat qilib boqdi. Kim bo'lgan, bosh bo'lmagan BDTlik murojaat qilmagan nimalar qolmadi. Oxir qopab shu Yevropa birligi ne ishondirdi shular. Dokladlar orqali aşağıda qirrilgan Tiananmenda maydonda qirrilgan o'quvchilarning jasadlari orqali, ularning raporlari orqali, shohidlar, guvohlar orqali ishondirib, Yevropa birligidan Xitoyga qarshi shunday bir qurol-yarog' embargosi yurgizishning bir qarorini og'izda buning dardini Xitoy hozirgacha tortyapti. Hozir chet elda Xitoyga qarshi bir davlat bormi? Ya'ni qarshi derken bir fizik qilinmasimi bir qarshi chiqqanligidek bir davlat bormi chet elda? Endi Xitoy dunyoning 3-chi super kuchi hozir. Iqtisodiy jihatdan 2-chi super kuch desakmi, ammo harbiy jihatdan yana Xitoy hozir 3-chi nima super kuch deydi endi. Birinchisi Amerika, Rossiya. Amerika zaten bilamiz buni oshkora Xitoy bilan naplishyapti. Xitoy tunogin Amerikaningki eng yangi tipdagi bombardiman orqalari Xitoyning Janubiy dengiz sohasiga kiribdi masalan tunogin. Demek xabarlarni bilgan ko'rdi qani. Balki bigat deganmi bu hodisa endi. Bu yerga o'zlariniki ma'lumki nimalarni avomatlarni emasdan urush paraxodlardan Xitoyninki Janubiy dengiz nimalarga nimasi atrofiga yetkazib qilyapti. Yan bir tarafdan iqtisodiyotni masalan Xitoyninki import qilgan va eksport qilgan mollar qartaligi qo'shimcha bash tamoyna beji. Onu yig'iltirib Her haftadagidek yangi tamoyna bejini chiqarib ko'paytiryapti.
Bu yerda iqtisodiyotdan qonuniy siqish. Xitoymi iqtisodiyotdan bir embargoga uchrab ketishdan andish qiladi. Chunki bu yerda Xitoyda bir iqtisodiyotdan bir embargoga uchrab, Xitoyninki o'rta va yuqori tipdagi korxonalari bu yerda iqtisodiyotdan Xitoy krizga duch kelsa, Xitoyda cho'ng isyon chiqadi. Bu 89-yildagi mi cho'ng isyon chiqadi. Xitoy xalqi o'zi qo'zg'alib bu hokimiyatga qarshi isyon ko'tarib chiqdi. Bundan andish qiladi Xitoy. Xitoyda bu yerda ishki bir qalayonchilik bo'lsa, buni tasarruf qilayotganlar va masalan o'tganda Germaniyaningki dаңliq bir tadqiqotchisi yozdi. Masalan, Xitoyda kelgusida Xitoyda cho'qim bir ishki urushdan bo'lganligi, Xitoyda bir ishki urush yuz berganligi va bu hokimiyatningki og'dirilganligi haqida bir nima yozdim, cho'ng bir doklad, boshqa shunga o'xshab ketgan dokladlar bor hozirgacha. Buning ham shunda Xitoyda bir ishki qalayonchilik, ishki urush va yoki ishki isyon qo'zg'alan bo'lgan vaqtida birinchilik bu yerda oldi bilan shu Tibet va Sharq Turkiston masalalarininki bu yerda nihoyat tez hal bo'lganligi haqida tasavvurni o'tirib qo'yibdi demdi. Tasavvurni o'tirib qo'yibdi. Shunga bu yerda faqat xalqaro masalasi emas, hozir Xitoyning o'zidan nurg'un Xitoy xalqining o'zining noroziligi bor bu kommunistik hokimiyatga. Hozir sirtqi ko'rinishdan qasna tinchlik tug'an bilan hozir Amerikan bequvvatli 200 ming demokrat Xitoyni. İşinin beşi olsa Xitoy demokrat tashkilotlari hozir hammasi plan program tuzyapti, hatto qaysi viloyatga kimni bosh saylaydigan plandan tuzilgan masalan kelgusida Xitoy demokratlashib qolsa. Bu naydi bu tarafdan ular nima qilyapti Xitoyni xalqini Xitoy kommunistik hokimiyatga qarshi isyon ko'tarishga ular harakat qilyapti. Yan bir tarafdan xalqaro Amerika boshchiligidagi kuchli davlatlar qilyapti. Yan bir tarafdan biz Tibetliklar Xitoyning mustamlikasi ostidagi xalqlar bunun qarshısına qilyapmiz. Şuna bir yerda Xitoyninki bu yerda hozir uchrayotgan hujumi ko'p taraflamalik. Endi bu yerda nihoyat yaxshi bir vaziyat shakllandi. Biz xili uzungacha xalqaro sorunlarda biz o'zimizni oqlaydigan bir vaziyat tutdik. Xitoy bizni ayblaydi. Voy bular terrorist, bularninki nima bilan islom davlatlar aloqasi va Al-Qoida bilan aloqasi bor. Biz emas, Xitoy tuhmat qilyapti, u qildi, bu qildi. 10 yilimiz uchun o'tkazdik. Guantanamodagi bolalarni 22 bolani uni bahona qilib turib, biz 8-9 yil Xitoy uni bahona qilib, biz o'zimizni oqlaydigan o'ringa chiqib qoldik. Endi hozir Xitoy qanday ahvolga chiqib qoldi? Xitoy o'zini oqlaydigan ahvolga chiqib qoldi. Biz tashabbuskor o'ringa o'tdik. Biz buni Xitoy mana manchilik 3 million ortiq Uyg'urni qilib oldi. Buni rapor, buni doklad, buni shohidlar degan vaqtimizda Xitoy voy bizda yo'qdi deb baqdi. Voy u biz kasb o'rgatilgan maktablarda deb baqdi. Hozir xalqaro siyosiy sanlarda Xitoy rasmiy jinoyat sifatida o'zini oqlaydigan bir o'ringa chiqib qoldi. Siz buni diqqat qildingizmi kimasidan? To'g'ri. Bu o'zini oqlaydigan o'ringa chiqib qoldi. Demak, bu o'zini oqlaydigan o'ringa chiqib qoldi degan gap buning tortadigan jazosi yiqilishyapti degan bir nima hukm chiqadi buningdan. Bu Xitoy o'zini oqlagan siri uningga qarshi kuchlar. Mayli nima maqsad bo'lsin. Men hech bir davlatningki Uyg'ur xalqiga, Sharq Turkiston xalqiga ish og'irib ketib, insoniy bir nima bilan internasionalizmlik bir ruh bilan muhakkakni mustaqillik qo'yaylik va yoki Xitoyning zulmidan qutqizib qo'yaylik deyishiga men albatta qilmayman. Buni faqat xalqaro kishilik huquq tashkilotlari tarafsiz kishilik huquq tashkilotlari, fondi jamiyatlari, nima hilol tashkilotlari bular qilishi mumkin. Bular samimiy sab qilishi mumkin. Masalan, diniy Turkiston tashkilotlarining ulug' qarindoshlarimiz sab qilishi mumkin. Ammo davlatlardan bunda sab bir umid tomoni kutmasligimiz kerak. Albatta men kutmayman. Ama paylanishni bilishimiz kerak. Bizga fursat hozir kelyapti, yiqilishyapti. Bu fursatni o'rdan tutishimiz kerak. Bu yerda bu fursatdan foydalanish uchun birlik, ittifoqlik nihoyat muhim hozirgi vaziyatning o'zida. Biz o'zimizning birlik, ittifoqlik ichida ishganligimizda bu yerda xalqaro jamoatchilikka bildirishimiz kerak. Butun Uyg'urning bir niyat ishganligini, bir maqsad ishganligini har zamon har qanday sharoitda, har qanday ishga tayyor ishkanligimizni bu yerda isbotlab turishimiz kerak. Mayli ishki ko'rishlarda bo'lsin, maxfiy ko'rishlarda bo'lsin yoki oshkor ko'rishlarda bo'lsin, shuningki so'rlarning uslubiga qarab turib. Allah razı olsun. Rahmet. Yani hazır biz şu fursatni biraz cho'ng tutib, hozirgi şekilde faaliyet ilib borsak bo'ladi degan javobni olgan bo'ldim. Aslında vaqtimiz to'shqan, ammo yana 5 minut keyingi surimiz. Chunki ikkinchi qatimliq programmamizga yana 5 minut vaqt bor ekan. U vaqt oralig'ida men yana bir masalani, yani bugungi xabarimizda tilga ilingan
masalalardan birisi Amerikaning Tayvanga F-16 tipliq aeroplandan 330 milyon dollarlık setib berganligi bugungi xabarimizda chiqqan bo'ldi. Bu Tayvanda qanchalik o'rnimiz var bizning? Tayvan bilan qanchalik munosabat qila olamiz? Bunga kelaylik. Tayvan meselesi kelsek, mesela yakında tuyuksuzlar. Ben dedim bu Amerika'nın Xitay'a karşı şon kozları vardı. Tayvan kozları, Şarkı Türkistan kozları, Tibet kozları. Hazır Şarkı Türkistan kozlarını çıkardı. Onun dinken onun yanında da Tayvan kozlarını çıkardı hazır. Onundaki Amerika'dan ait şu an Tayvan müstakilçileri bu BDT'deki özünün uğrunu nesli keltiriş mesela 76. yılı mı? 77 belki. BDT'nin çıkarıp etilgen. Onun uğruna hazır Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti. Ve o azabı. Şu ornumuzda esnek keltirimiz dep müstakillikni qilib namoyish qilib, uningga qarindoshlarımızdan xabari bor. Bizningki Amerikadagi Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarimiz bilan qatnashdi o namoyish qilib. Yana bir tarafdan Amerika bu yerda Tayvanningki qurol-yarog' yuqori texnikalik, ilg'or qurol-yarog' setib berish boshqarilgan bomba degandek yüksek tekniklik bombardıman ayrıtlarını setip verişini ciddileştirip atıdı. Bu mu hem de elbette Amerika'nın yürütüvatkan bir Xitay karşı bulavatan işler bu hem de. Yani Tayvan meselesi kelsek bizning Uyg'urlarning gibi Tayvan bilan bo'lgan aloqamiz yama uzun hem de. Uzun. Bilirsiniz 49 yılı bu Gomindan hakimiyeti komissarı mağlup Tayvan keçip ketgandan keyin Şinjan ülkelik hükümetini aşağı köçürüp ekitip bir işxonasini ta'sis qilgan. Köçürüp ekitip, şu kanca ülke olan bolsa, şu vakti Gomindan vaktida şu ülkelerinin işxonasi ta'sis qilingan. Ve bir 50-60-100'e yakın Uyg'ur nima ekitip, u yerda burunqi Gomindan Altay nima Qumulninki valisi Yolg'ozxonni apirib, Şinjan ülkelik hükümetninki reis qilgan Abaydulla Tiyipla, anandan keyin nima Abdulla Temalla bular hamisi şu Tayvanda şu Cunhua Mingo Şinjan ülkelik hükümetinin işxonasida uzun yıl hizmet kıldı bular. Hizmet kıldı ki bu nimeler dinkin taht ötüldü bu. Bu şu nimeler taht ötüldü. Bu Yolg'ozxon şu Tayvan'da öldü. Nimeleri qağallarımız tozup ketdi. O Tayvan parlamenti dinlewat. Yani Tayvan bilan bo'lgan munosabatimiz şu. Mesela bu onundaki şu mezgilde bir 60. yıllarda olsun, 70. yıllarda olsun Tayvan'da yani kurultay çaklısı mahsus şu Saudi Arabistan'dan, Türkiye'nin Tayvan'da mültecilik meselesi var mı Tayvan'da? Tayvan'da yoqlaşı mümkün. Çünkü bizden bir qarindosh berip diken Tayvan'ga. Bunun da bir qancha yıl burun Tayvan avval Türkiye'den telefon qildi. Onun dikmiş Tayvan'ga baray deyman. Ben dedim Tayvan'da siyasi anlatılış yok dedim. Çünkü o bir devlet emas. Bir de etiraf qilmaydi dedim. O bir rayon dedim. O nimada Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki rasmi ro'yxatida Xitoyninki Tayvan ülkesi hamdi. Tayvan ülkesi. Bu bir nima emas, devlet emas. Bunda bir şaraytni albatta o'zi devletga o'xshash 49 yildan bu ham o'zini o'zi so'rab kelyapti, ammo xalqaro statusi yo'q. Hozir bu 10-20 devlet itiraf qildi, Tayvanning mustaqil kambag'al davlatlar va orol davlatlar, qabiy davlatlar bor. Ama ularni bir-birlab Xitoy setyapti-ku, sizning xabaringiz bor. Tayvanda bexatarligimiz yo'q, Tayvandagi bexatarlik. Yana bir Tayvanda o'ltiraqlashish, u yerda turish. Burun komünistlarning ta'sirini aytib küçük keldi. Anandan keyin bu bilasiz, Gomindanchilarning bu kommunistlardan farqi yo'q endi. Gomindan partisi buni aytib küçük Tayvanda. Mesela necha qatim bu Tayvan demokratik ilgi sürüş hazır hakimiyet peşindeki bu partiyi nespetim aldırıp etip hakimiyet peşine çıkan Gomindan partisi hazırın bana ait güçlük hem de. Bular mı zemin bütünlüğü meselesi ki vakti Gomindan partisi komünist partiye bile okşaş hatta kızık yeri bu Gomindan partisi aynı vakti 1955 yılı bu komünist Xitaylar atalmış Şinjan Uygur Atmurayını bizge zorlap tanga vakti şunun gibi narazılık bildirdi. Vatan satqışda devletini satqa bular. Nimde narazılık bildirgen? Ya şo'liq sen bularni bir ülkeni sen qo'pib yani mustaqillik o'xshab ketadigan mustaqillik uchun bularning Abdunum Rahim berganlik uchun qapuğanmı Gomindan? Ya şu Abdunum Rahim bergan uchun. Mesela Gomindanning hozirgi davlat xaritasi qarasangiz Toshqin Mo'ng'ulmi shu davlat xaritasining ichida u nimaniki Gomindan. Demak Gomindan qalbi qiysa bizning vatanni faqat yutib oladi ekanda.
Ya mümkün emas. O bütünle o mesela Xitoyninki hozirgi zimin bütünligi masalasi kelgan vaqtida, territoriya masalasi kelgan vaqtida o Gomindan partisi hozir Kommunist Xitoy hokimiyatidan qattiq pozitsiyasi. Buni da umid kutmaslik kerak. Endi bu yerda bizning umidimiz butunlay kundan kun kuchayotgan va hozir hokimiyat beshida turayotgan Tayvan Demokratik Ilgi Surish partisi. Bu ayt kuchayib ketdi. Tayvan mustaqilchiligini ayt kuchayib ketdi. Hozir Bu siz deyotgan partiyada nima bor? O'rkash davlat efendim bor, shunaqami? O'rkash davlat efendimi bir qancha qatim parlament a'zoligiga nomzod bo'ldi. Bir qancha qatim saylanib qatnashdi, muvaffaqiyatga erishamadi. Inshaalloh bundan keyin bu erishib qolar. Ammo Gomindanning nurg'un Gomindangchilar hozir asta-asta bu voz kechib, Gomindang ideologiyasidan bu Tayvan Demokratik Ilgi Surish partiyasiga va boshqa demokratik partiyalarga asosda qo'shilib, bu Gomindang partiyasini eriyotdi, ta'sir ozdayotdi. Bu mu biz uchun foydali bir nima? Tibetliklar bunun ait obdan paylanıvatıdı. Çünkü mayli Tibetlikler baldır Xitoydan mustaqilligini asli keltirsin. Mayli Tayvanliklar bilinib chiqsin. Bugungi kunda bir ikki Uyg'ur Turkistonning milliy mustaqilligininki qadimidan tizilish uchun payliq omillar. bugungi kunda bir Uyg'urlar Tayvanga berib o'ltiraqlashish uchun normal yasham o'ltiraqlashish masalasida bir xabarlar bor. Bunun da hem de ben Tayvan'ga azırgıç verip bakmadım. Bazı kardeşlerimiz halı köp vardı ama verip kelgen kardeşlerimizden değişçe bir xatarken hem de aitti. Bir xatarken. İkincisi hem de üyede bir berip ilticaklı mende gitmemizden almaya ketken bir inimizden değişçe hem de iştepiş mi? O teske veya bundak siyasi bana alıp bu edilen nesli yok hem de. Çünkü o da kardeşimiz başka devlet almış kettik ki. Şuna hem de bir xatarlik meselesi mühim var biz için. Hem de bir xatarken, Tayvan biraz bir xatarken, turmuş seviyesine ait yukarı iken, medeniyet seviye cihetten belki dünya karşı cihetten olsun, bu Xitoy'dan osman zemin fark kıldı kendiydi. Başka bir millette kıldıydı. Allah razı olsun özlerden. Xitoy'a okşagan bilen deydi. Bugün nait yaxshi bir söhbət qılıb aldıq inşallah. Ma programımızdaki orlaştırışı vaqt jadvalini shunday o'rlashtirganlik uchun men majbur suhbatni tugatishga majbur bo'laman. Hammalarninki da'vatqani shu suhbat qisqargan bo'lsa dedik. Shuning haftalik programmaga bir qancha qarindishimizni kelib qisqa suhbat qilyapmiz. Alloh xohlasa kelgusi haftalardami sizlar bilan jiq suhbat ilib boramiz bizningki xabar va muloyiza sahifamizda. Shuning bugun suhbatimiz mishagchi bo'lsa, o'zlariga ko'p rahmat. Rahmat. Şu sizlerning xabar va muloyiza programmalarga buni aytdi. Hozir bugun 3-chisi bu deymi balki. Bugun 3-chisi. Bu nihoyatda yaxshi bo'ldi. Men xursand bo'ldim. Men o'zim bir kasbiy axborot 85-yilning hozirgisi hisoblasam. Men nihoyat xursand bo'ldim. Buningdan men muvaffaqiyat tilayman. Chunki hozir bizning milliy harakatimizningki shundoq biroz kasblashgan, muntazamlashgan, sog'lom, to'g'ri yetakchi ideyaga tashviqot vositalariga, axborot vositalariga nihoyat jiddiy ehtiyoji bor. Şuna ben muvaffaqiyat tilayman sizlarga. Cenab-ı Allah işinlarni oson qilsin. Rahmat o'zlariga yana bir qadamli programmada ko'rishaylik. Allohga emanet. Rahmat. Bütün qarindoshlarımizga rahmat. Xayrli oqshomlar. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Farhat apandim bilan elib borgan bu xabar va muloyiza sahifamiz mishada oyoqlashdi. Tövende bizningki diniy programmamiz bo'ladi. Bu diniy programmaga bizningki qarindoshlarimizdan Shamsiddin qarindishimiz o'zining yaqinda qozongan natijasini so'zlash bilan birga bizga bir Qur'on tilovat qilib turdi. Uningdan keyin biz Ali Akbar hojim bilan birga isbotsiz, yolg'on va anglagan so'zlarning dinimizdagi jazosi nima bo'ladi degan masala ustida biz bu yerda o'tirib paranglashimiz. Men qarindishimizni hemen ikramga chaqirma. Bizningki ayrim bir bu programmani yuqoridan boshqarib beradigan, ikramlarni yangilanib beradigan bundaq bir qarindishimiz bo'lmaganligi uchun davomli bir boshdan Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aziz qarindoshlar, qarindishimiz Shamsiddin ikramimizga keldi.
Fikranımız hoş geldiniz Şemsiddin kardeşim. Vay. Alo. Fikranımız hoş geldiniz. Hoş bulduk hacım ka, hoş bulduk. Allah razı olsun. Rahmet. Yakından beri bastırgan kitabınızınki nimisini anlap naiti xursand buldum. Xabarini anlap. Bulapmı chet elde bir Arab devletide bizning bir qarindishimizningki bir şiiri ve onun aralashgan maqolalari bilan bir kitobninki yozilib bastırilishi bo'lapmi u organda bastırilishi uningki nomini o'zingizdan anglaymiz. Bizni bek xushal qiladi. Hem sizningki necha vaqtdan beri nihoyat go'zal ovozingizni biz anglab kelayotgan. Biz bu haftalik xabarlar muhim xabar programmamizningki texnik go'zalligini saqlash uchun bu programmamizga diniy suhbat, Qur'oni Karim, madaniyat, san'at, xabar, suhbat qatorliq hamma narsani cho'g'lash uchun bugun sizni tunji qatim buni taklif qilgan bo'ldik. Oldi bilan bir Qur'oni Karim anglasak sizdan, Qur'oni Karimdan keyin sizningki bu kitobingiz ustida biroz to'xtalib, undan keyin programmamizni yana bir baldoq ko'tarsak deb o'ylayman. Bo'lamdi Qur'oni Karimdan bir qancha minut bizga anglatsangiz, go'zal ovozingizdan bir hozirlansak deyman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. خلق الإنسان علمه البيان. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد
علمه البيان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم. Allah razı olsun. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Güzel avazınız bilen bizni huzurlandırdınız. İnşallah. Mening to'rim sal nachar ovozda. Shunaq, ama avazınız intayin güzel çıktı. Merhum ustozimiz Abdulbasit Abdusamatni yana bir qitim esladik inshaalloh. Ba'zida xili o'qigan hofizlardan güzel o'qiydiganliklaringizni biz bilamiz inshaalloh. Alloh qiyomatdagi darajangizni taxmin ustun qilsin. Qur'on bilan her zaman do'st qilsin. Qur'onning dunyolik va oxiratlik do'sti bo'lib o'tib keting inshaalloh. Bundaqda bütün qarindoshlarimiz duo qildi inshaalloh. Men ma texnik ishlar bilan bo'lib biroz kichkina qarayolmay qoldim. Xo'sh. Yaqinda bir kitap yozdingiz. Kitapninki nimasini men kichkina chiqarib qo'ydim. Bu kitapninki qachon bitkazdingiz, qayerda bosdingiz va buningki setilish ahvoli degandek masalalarda bir qancha minut to'xtalsangiz, undan keyin bizningki boshqa suhbatimiz bor. Tamam, bo'ldi. Bu kitobning ismi arabchasi Jur'atu amal bo'lib, uyg'urcha ko'rsak umid tomchisi degan ma'noni ifodalaydi. Bu kitap men de kichigimdan tortib, endi ko'pincha qarindoshlarimiz bildi, men arab diyorida cho'ng bo'lgan, o'tanda kichigimdan kitap. Meningki kichigimdan tortib ta hozirgacha meningki masalan bir ishlar bo'lgan, jamiyatimizga bo'lgan, hatto shaxsiy hayotimdagi tafakkurlarim endi yushunmayman arabcha hisobda. Chunki men kichigimdan tortib boshlang'uchdan birinchisidan tortib arab lavlarini qilgandan keyin son ketgan gap. Keyin hamda garchi o'zi ana tilimninki to'g'rilab izlanib o'rganib qolgan bo'lsam-mu, garchi bu kitobdan tarixiga kelsak, bu kitap o'zi masalan men shu 2007dan tortib 2017gacha, ya'ni jami 10 yil asnosida yozgan hamda ayrim mustaqil bir nimalarda, vaqtlarda, ayrim bir voqealarda shuni atab yozgan o'zimniki sarguzashtlari, masalan, yo o'zimniki bir o'yinlari to'plab shu 10 yildan bir to'plab kelgandan keyin bir nimasi ham xazinasi. Buniki qismi ko'pinchilari masalan munojat va ibtihol deb qo'yamiz arabcha. Shuni bilan boshlaydi. Andan inson normal yosh vaqt
o'ziga kuchli hamda hissiyotlar bo'lgan shuning uchliq g'azal she'rlarim bor. Yana bir qismi masalan ustozlarimningki va shu Suriyadagi ta'lim tarbiya olgan shu ustozlarimningki qo'l o'qigan ustozlarimga rahmat va madhiyalar. Eng oxirgi qismida uning oldida marsiyalar bor. Masalan Muhammad Salih Damullam hojim ustozimizga o'sha yaqinda qilgan marsiya va undan yaqin tugab ketgan bir yil bo'lgan Abdullakim Mahsum hojim akimizga yozgan marsiya bor. Andan o'zimizdan bir ustoz bo'lgan tugab ketgan 2010da. O ustoz yozgan marsiya bor. Andan keyin o'zimning shu ayrim masalan hayotimizdagi yashagan masalan Suriyadagi bo'lgan voqealar va uning bo'lgan ko'z qarashim. Gerçi gapning xulosasi nimalig'i o'zim o'sha ilmiy soat shug'ullangandan keyin bakalik tashviqotga chiqib, balki ekranlarga chiqib qilolmasammi? O'zimdan keyin bo'lgan nimalarimni, voqealar bo'lgan, ya bo'lgan ko'z qarashlarni o'sha qalam orqali qilgan endi nimalar hisobdan. Birinchi qismi she'rlar tugaydi, ikkinchi qismida kelsak, u mashinaga o'xshash, lekin nasriy shaklda yozilgan. Nima deymiz endi? Maqolalar desak bo'ldi. Uning eng muhimi men doim o'zim o'qib turman faqat. Mana shu o'tgan yillik 7-oyning bo'lgan shu voqealarga eg'ir tafsiliy shaklda garchi o'zim qisqa mezgilda shohid bo'lsam shunga men ketib qoldim keyin. Shuni hisobda ko'pincha shu men ortiq gapirmay. Hozir yaningizda shu kitob bormi? Men Misrda o'qigandan keyin yaningizda shu kitob bormi? Baba aytdim. Shu kitobdan bir she'ringizni anglab boqili. Bo'lsa Abdullakim Mahsum hojim akimizga yana bizlar bilan sabdash bo'lib, yana chet eldagi nurg'un muhojirlar bilan sabdash bo'lib Xitoyga qarshi bir kurashib qolgan shaxs marhum. Alloh yotgan yerini jannatdan qilsin. O kitobni bo'z ikkirangi bir ko'rsatib o'tdim. Jur'atu amal bu Uyg'urcha tarjima qilindimi yoki qilinyaptimi? Undaq bir plan bormi? Yo'q, bu Uyg'urcha tarjima qilinmadi. Endi men o'zim o'yladim, gar tarjima qilay desam, endi bu sizin billah balki adabiy bir amgak bo'lgandan keyin bu adabiy amgakni yana Uyg'ur tiliga nima qilma desam, uning asli ta'mi yo'qolib ketib qoldi-ku. Endi shuning shu nima qarta Uyg'urcha ayrim yozishim kerak ekan. Tamam. Sonrashqa mening Uyg'urcha yozgan ayrim nimalarim buni taxmin nashr qilmadim. Shu umuba. Uyg'ur she'rlaringizmi bor, uni o'ylashmadim taqa. Uni tax nashr qilmadim. Men uni nashr qilmadim taqa. Chunki men Uyg'urcham ancha yaxshi bo'lmagandan keyin shuni taqa nashr qilish o'ylashmadim. Ammo hozir Uyg'urchani nihoyat jonliq shu zavoddek so'zlayapsiz, hech qanday masala yo'q endi Uyg'urchangizda. Allah razı olsun. Gerçi o'zim o'rgangan til bo'lgan bilan bu, lekin endi nurg'un qiyinlashlarimiz meni aytlaydi, sen Uyg'urcha yaxshi bilmaysan, arab diyori cho'ng'imda. Shuni men ancha naqd ketmayman. Ham Uyg'urcha narsani chiqarmayman umuman. Bu she'r nima qilgan bu? Agar belki imkoniyat bo'lmay qolsa, o'zingiz yaxshi ko'rgan tarifini o'qib bersangiz bo'ladi. Masalan, bu kitobingiz hozir qaysi nerede bisildi, shuni deyishgach topayli. Vaqtimiz Mishada bir buni oldida men 5da bir o'zimizniki bir tunishimiz bor-ku, Mishadagi doktor Kulliyatul Adabda, Adabiyot universitetida, Jamiyat Ayn Shamsda. Shu ustozimizni ko'rsatsam, mashallah, deb oyligi nimani siyosiy nimani ko'rib, ma vaqani gapida. Balam, buni sen nima qilma, bosman evat deganda, ma qilib bo'ldi, ma evtay deb, lekin ma qilib qo'yib bizdan bostirdim. Endi ma mishadi bir shaxsiy mustaqil bir nima bo'lgan maktaba deb qo'yamiz, endi dar nashriyat. O'zigacha endi belki men danglik emas. Mentsam o eğer ma gapni qilsam men qilmayman. Masalan, o'zing mas'uliyat bo'lsa, nima ustunga olsa dedi, ma'qul chatoq yo'q deb xat yozdim. Bo'ldi deb. Endi mening o'ylig'im bunda imkon. Nima ish qildingizlar?
Ben hem de kichigimdan tortib gerçi vatandan ayrılıp vatandan keyin balkim ba'zanlar ayblagan bo'ldi, sen hech bir vatanning davosini qilganini bilmadik, ko'rmadik sizlar deb deydi, ayblaydi. Ben deyman. Endi vatanning davosini qildik deb endi jarang so'zlab fikrlar chiqib qilishning o'rni yo'q. Har bir inson o'zininki qilayotgan, o'zininki sohasidagi nimasida shu vataniga qarata xizmat qila olsa, shu emgak chiqara olsa, tuhab qo'sha olsa, ashning o'zi bir xizmat deb o'ylayman. Ashning o'zi bir kurash deb o'ylayman. Mening nazarim shu. Albatta. Şonlaşkan vakitim ben boldu, ben ne bolsam boldum, mail tutkun kılsın, mail solusun, mail kaytırgasın, demiş kılsın. Hem de bu kitabım arkalık mı, bir kalemim arkalık, bir Kudayım pişki bir kabiliyet bir ki şu arkalık bolsun ben bir tonuta. Bu zulüm kaçan vaçanım kıldı. Biz ya vatanda bulmuşsak, biz erkin devlet turupmuş ki yapılamızsak kanda buldu. Şun tevekkül, bismillah ne bolsam buldu. Tabi elhamdülillah azıcık için bir çıkanda bir işim bulmadı. Allah saklak geldi. Allah razı olsun. Allah sizni ve hemmeyleni saklasın inşallah. Elbette bu ikirangı çokum, ikirangı çıkış degen gap yok. Çokum namoyish qatnash degen gap yok. Bizning tanqidlayotgan insonlarimiz xalqimiz uchun, ummat uchun, shu Uyg'ur Sharq Turkistonliklar uchun hech chiqmay, hech yaqin kelmay, qat'iy xizmat qilmayotgan shaxslarni tanqidlayotimiz. Ularning bu xizmatga yaqin kelish uchun Allohni tanqidlaydi, payg'ambarlarni tanqidlaydi, sahobalarni tanqidlagan. Ularni demakchi, hargizmi sizlardek mayli qalam tutgan qarindoshlar, mayli ilm ahli. Masalan bir Uyg'urningki sap arab tilida bir kitobni yozib, bir she'rlar to'plamini, maqolalarni yozib, chet elda arabchada bostirishi bu bir oson ish emas. Arablar hech bir zaman Uyg'ur tilida bir arabningki Uyg'ur tilida kitob yozib bostirganini biz ko'rmadik. Bir inglizning yo bir Türkninki men anglamadim shaxsan bugungacha boshqa millatlarningki Uyg'ur tilida kitob yozib bostirganini, ammo biz Uyg'ur turib boshqa tilda bizning burun tarixda shunda olimlarimiz bo'lgan. Mahmud Qashqari, Yusuf Qasojib va Alisher Navoiy. Ular boshqa tillarda yozgan nurg'un kitoblarni. Ammo keyingi zamonlarda Xitoyning ziyonkashlik bilan tushib ketgan bugungi davrda sizlik o'qib chiqib arab tilida bir kitobni yozib bostirib jamiyatga silishi, arablarga sunishi, hatto arablar diqqat qilgandek shaklga kelalishi bu bizning millatning naqadar ilmlik, naqadar madaniyatlik bir millatning ballar ekanligimizni tushuntirdi aziz qarindoshim. Bo'ldi, topa olgan bo'lsangiz mikrofon sizda. Xo'sh, topdim. Mana topdim. Lekin bir qisqartilma. Endi men shundan degan tanqidlagan qarindoshlarimga albatta endi ichim og'riydi, chunki ular endi g'oyibona hech nima bilmasdan hukm berdi, u bir nadallik deyman. Masalan, mendan so'rasangiz, men bu kitobdagi nurg'un endi o'zimning shaxsiy fikri nimalarini Majalatul Azhar deb o'zimizningki o'qigan, masalan, men kulliyat dirosatlar al-uliyada o'qiyman, qismi tafsirda. Shu o'tgan bir nima chiqarib ketgan, agar yozish qobiliyati va qarindoshlar bo'lsa, ekrandan ma'qul deb chiqaribdi. 4 nima bergandim, orasida bismillah tavakkul, mayli azarni qo'g'lasin. Mayli men shu vatanim uchun, vatanimning da'vosi uchun qurbon bo'lay deb shu niyatdimi, oxirga o'zimniki o'tgan yillik bo'lgan voqeani nimasini qistirib qo'ygan. Uni chiqarmabdi. Bo'pti, xayr dedim. Inshaalloh Allah biladi, haq bilsa dedim. Qalblarni Alloh bilguncha qarang. Qo'lingizdan kelgan xizmatni qilsangiz, u Allohning oldida biz oqchu. Ammo yana bir gapni eskartib qo'ysam, ilmliklar, ilm o'qiganlar bo'ladimi, din o'qiganlar har zaman sepning oldida menish lozim. Bu bir qism kishilar bor, faqatla shu septimi yo'q, aptimi yo'q, tordimi yo'q, uydimi yo'q, hech yerda yo'q, mumkinib olganchu. Bularga nisbatan biz tanqidimizni jumid ekanmiz. Bular texmi uyquga betib ketadi. Bular ogohlantirish va yoki tabliğdan mahrum qilib, qiyomat kuni bular bizga eslab oladi. Nima qilsan bizni ogohlantirmading, sen nima uchun bizni xoin yoki u bu demeding, nima uchun bu inqilobning qishiga ekanmiding deb bizga u vaqtda ta'yin qiladi. Uning uchun unda haqiqiy ish qilmayotgan, ilm ahli sanalayotgan va yoki ya'ni bir da'vo qilayotgan, ammo hech bir xizmat kelmayotgan insonlarni tanqidlashimiz albatta bu to'g'ri bo'ladi deb qarayman. Bu mening shaxsiy fikrim. Xo'sh, so'z sizda. Shamsiddin. Mana va qarindoshlar o'qiyolaydi. Mana. Xo'sh. Evet, to'g'ri. Arabcha unvoni Risaul Allama Abdul Hakim Khan Makhdum rahimahullah. Naam. علو في الحياة وفي الممات لعمري تلك إحدى المكرمات ألم تر أن أنوارا تجلت من الأكفان تنبي عن حياتي حشود جمعها 1000 ونزر تودع شيخ أشياخ الدعاة
لمثلك يا فقيد العلم نبكي ونلهج بالدعاء وبالصلاة ونحزن إذ أصاب العلم ثلم بفقدك يا عميد المعضلات لقد غامرت في شرف مروم ونلت جناه أيام الحياة غدوت معلما للناس خيرا وصحت معاديا للمغرضات وتغدق بالمكارم والعطايا وترسل بالنصائح والعظات قضيت حياتك المثلى كفاحا لتحرير البلاد من الطغاة وصلت وقلت بأن تركستان أرضي وأرض الأولين من الأبات فلا شبر وذاك لهم محال ولا شبران منها للعداة صدعت مجاهرا بالحق حينا وأيقظت العقول من السبات فهب الناس خلفك في جموع لدحر مزاعم الحق الغلاة وذي الجمعية الغراء تحكي جهود عناك من ماض وآتي أيا عبد الحكيم أطب ثواء بدار كرامة جزل الصلات بصحبة سيد الأكوان فيها محمد خاتم الرسل الثقات وأوصي نجل سيدنا صديقي بصبر للقضاء وبالثبات أزل يا صاحبي دمعا تهاوت على خديك إبان الوفاة وضمد قلبك الحر لتحذو مسار أبيك في نهج الحياة أعزي أهل تركستان جمعا وأوصي أهله بالطيبات عليك سحائب الرضوان تترى تظلك في العشي وفي الغداة Allah razı olsun, rahmet. Cümlemizden inşallah. Allah razı olsun. Qısqacha mundaqla bir qancha jumlaga yig'ibla qarindoshlarga nima o'qiganingizni deb bera olamsiz? Xo'sh, beshida endi arab tilidagi balog'at nimalariga tushirsak, majaz nimalarida cho'gilib keldim buni. Ya'ni uluvun fil hayati va fil mamati, ya'ni sen ey o'lgan kishi, ya'ni ey vafot topgan kishi, ya'ni damullam, gar sen o'lgan bo'lsangmi, gar sen vafot topgan bo'lsangmi, ammo lekin sening zikring va seningki islomga va ummatga, mayli Turkiston ummatiga, mayli masalan islom ummatiga qo'shgan sening tuhfang shunchalik zo'r holatda sening zikring o'chmagan holda vafot topding. Bu bir vaqtli degan nimani ifodaladim. Keyin garchi sen tuyib ketgan bo'lsangmi, ammo lekin Alloh va xalqimiz va ummat, islom ummati va atrofingdagi sen tunuydigan, sening zikringni anglagan, sening nomingni olgan kishilarning hammasi sendan rozi bo'lganligini ifodasi shuki, sening jinozangga, ya'ni seningki sen vafot topgan kuni yer yuzida masalan shu darajada adam chiqdiki, yer qolmadi, o'rin qolmadi. Sana namoz o'qiymiz deb, masalan, bu bir kinoya endi. Keyinda zikr qilib akilib, masalan shu shayximizningki, damalarningki islom ummatiga va maktaba islomiyaga qoldirgan to'pisi, masalan kitoblari va masalan uningdan boshqa hayotida tarbiyalagan toliblari, hozir ular bizning ustozimiz bo'lib kelayotgan, masalan shuni nima qildim. Ondan u ilmiy bir hayot, ilmiy bir kurash ke birga hayotida o'ziningki vatan davosini, ya'ni men olim, men faqat ilm bilan shug'ullanaman, men bal tarbiyalayman, mening ishim shu, men unda siyosiy ishlarga aralashmayman demasdan, sil degandek abay olim asli ahli ilm bilan shu bizningki birinchi bo'lib vatan bo'lgan davoyimizni shular birinchi bo'lib ko'tarmasa, mayli u siyosiy, mayli nimalar tang'amdi natayin. Demak, xalqimizmi, mayli har qanday millatmi, o'limoniki bir gap. Nega bo'lsa. Endi hozir zamonni hisob olmagan chog'da shuni zikr qilib, masalan, sen u ilmiy hayoting bilan birga sen o'ttasan, qopsan, mush ummatning g'amini yeb, mush ummat qanday qilsak mustaqillikka, mush ummatimiz qanday qilsak mushu kofirning qo'lidan qutulishga deb degan shu nimalarda sen shuni prinsip qilmangding. U endi mushu holda tuyib ketgan bir kishiningki o'rni qanchalik bo'lsa deb shuni zikr qildim. Demak, endi o'rning bek kattasiniki deb degan zikr shu maqsadda men qildim. Keyindan shu to'g'riliq masalan siyosiy ishkenchilarga, siyosiy nimalarga uchirdim. Alloh rizoligi uchun nurg'un qamalding, necha qatim yetib qolding, necha qatim o'z nimangdan ayrilding, vataningdan ayrilding degan nimalarni shuni zikr qildim. Keyindan shuniki damullamninki qayrindoshlari va mayli tuqqanlari, mayli toliblari, mayli yaqin yo'qlari hammasiga umuman
ve keyinde anladım biz Şarkı Türkistan yani şu alim bizden çıkan alimimizningki kavimlerge ve keyinde uazzi ehli Türkistan'ı cemanda bütün ey ehli Türkistan sizlerge emmisiga men ta'ziyani bildirman. Hatırjam bolinglar. İnşallah alimimizningki o'rni katta degan nimada. Allah razı olsun. Allah razı olsun Şemsiddin inimiz. Allah ilminizin texmi ziyade qilsin. Amin, amin hacımka. Aklınızını, ilminizni, bedeninizni davamlı Allah ziyade qilsin. Texmi mustahkam qilib bersin. Tor dünyasında sizinki davamlı Kur'an-ı Kerim tilavetinizni anlap turyapmiz. İnşallah kelgusi zamanlarda davamlı anlap turishni xohlayman. Aldırışçılıkta dini programmalarımız nəhayət az bolup bunundan keyin çoxum dini programmalarımız köp bolup dep oylayman. Xalqimizning dinimizga, Allahimizga, Rabbimizga qattiq ehtiyoji bor. Psixik jihatda intayin buzilyapmiz. Ma'naviyatimiz tövellep ketyapti. Qur'onning ovozini, azonning ovozini anglash bilan qalbimizni amin topqizmasak bizga boshqa bir chiqish yo'limiz yo'q ma'naviy tarafdan. Uning uchun inshaalloh oldimiz zamonlarda yana sizning davomli güzel ovozingizni anglab turishga tashnaman. Razı olsun hacımka. İnşallah. Oxirida qarindoshlarımizga deb qo'ydigan so'zlar bo'lsa olaman. Uningdan keyin bizningki diniy suhbatimiz bo'ladi. Biz birlikte sohbatni davom qilamiz. Qarindoshlarımizga. Allah razı olsun hacımka. Allah razı olsun. Tamam. Undaqda mishada siz bilan bo'lgan programmani tugatsak inshaalloh oldimiz zamonlarda yana ikrarlarda ko'rishni umid qilaman. Allohga omonat. İnşallah, inşallah hacımka. Buldu hacımka. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Rahmet. Temanillah. Allah razı olsun aziz qarindoshlarım. Dostumuz, inimiz Şemsiddin qari qarindoshimiz bilan bir dini kichik qisqa bir suhbatimiz bo'ldi. Qarindoshlarimiz nəhayət ko'p talab qiladi. Qisqa bo'lsin deb mana qisqa qilyapmiz. İnşallah sizlarning talabinglarga binoan. Hozir hamda bizningki ustoz qarindoshlarımızdan Ali Ekber Damollan bilan birlikte biz bir suhbat ilib boramiz. İnşallah bu suhbatimizmi cho'qim yaxshi davomlashadi deb o'ylayman. Haftalik muhim xabarlar programmasida davomli bir qancha ustozlarni chaqirish orqali biz davomli programma ilib boramiz aziz qarindoshlar. Assalomu alaykum Ali Akbar hojim, ikramimizga xush keldilar. Bo'lsa shu programmani taqib etib turib paranglashgan bo'lsak yaxshi deb o'ylayman. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Allah sizlardan razı olsun. Bu ikramni bir ichib etgan bo'lsa, sizlarning muborak jamollarini ko'rib turib suhbatimizni davom qilaylik. Sizlarning ikram hozircha ochiq emas. Esildimi? Allah razı olsun. Sizlarning mijozlarning yo'qligidan xabarim bor, shunday bo'lsinmi? Yanılam xalqimiz uchun echildi nəhayət yaxshi, güzel bir ikram, güzel bir yüzünü ko'ryapmiz. Allah razı olsun. Allah yüzleriga, imonlarga texmi ko'p iymon bersin. Bu millat uchun xizmat qilyaptilar. Bu din uchun, bu millat, bu ummat uchun xizmat qilyaptilar. Bugun ham mijozlar yo'q bo'lsa-mu yana qaytillar suhbatimizga. Chunki har zaman olimlar oldida ketayotganlar millatga to'g'rini ko'rsatish, to'g'rini deyish majburiyati bor. Yaqindan beri bizningki cho'qim isloh qilmasak bo'lmaydigan bir qancha masalalar o'tirg'i chiqdi. Bu masalalardan birisi bo'lgan shu tashviqot sohasida mayli Facebook, mayli WhatsApp to'plarda bo'lsin, shu anglaganni deydigan, bir narsani aniqlamay turib uningga hukm pichadigan, aniqlamay turibla oq qorni qora deydigan, hech qanday isbotsiz so'zlaydigan, olimlardan so'ramay, mutaxassislardan so'ramay o'zi fikr qilib, o'zining fikrida qolmasdan shu fikrni mush ras deydigan va minan nas men yujadilu fillahi bighayri ilmin va la hudan va la kitabun munira oyatidagi ila oxiril aya ular ilmsiz, kitobsiz Allah borasida, ya'ni to'g'rilik ustida, haq ustida jidallashib ketadi, ammo uning nazarida ilm yo'q, qishida. Uning qalbida bir iymon yo bir ilm yo'q, ilmsiz chiq gaplarni qiladi. Degan oyatga asosan bu jamiyatimizda hozir ilmsiz chiq gaplarni qildiganlar nihoyat ko'p bo'lib
bo'ldi. Buningga nisbatan shariatimiz, dinimiz nima deydi? Bu to'g'risida sizlar bilan bugun chamimizning yetkinchi qadar bir paranglashib qilib, bek mijozlari o'zgarib qolib qolsa, to'xtatsak bo'ladi. İnşallah. Söz sizlardan misin? Bunu da Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Aldı bilen hemmimizge Cenab-ı Hak Subhanahu ve Teala'dan salametlik, hatırcımlık dileymen, hidayet dileymen, emelgi muvaffak kılışka, nasip kılışın dileymen, muvaffak kılışın dileymen. Hoş. Yani bugünkü size oturup koygan bu temanın özü töhmet, yaki böhtan ve şunun etrafındaki kişiler arasında yani ispatsız, hüccetsiz birbirini karalaydıgan muşa ahvallarını çözdüğün esasda biraz söhbet kılışalda turvatımız Cenab-ı Hak Subhanahu ve Teala'dan oldu bilen bizni bu ve bundan başka barlık kişilerimizge berediğin malumatlı da doğru yolunu göstersin dileyimiz Cenab-ı Allah'ın. Amin. Hoş. Aldı bilen şu töhmet, böhtan yoki başkalarını qaralash degan müşahide kıskaca to'xtalib gapimizni müşahidin başlab mengib ketaylik. Töhmet degan bu so'zning o'zimi aslida arabcha so'z. Böhtan desakmi arabcha so'z. Töhmet, böhtan, kizb, iftira, ifki, qazb degan lug'atlar bilan ataladi shu narsa. Ya'ni boshqalar haqida bo'lmagan gaplarni qilish. Ya'ni boshqalar qilmaganni qildi deyish, boshqalarga qora chaplash, xatolik ma'nidagi so'zlar mushular. Bunun ba'zisiniki boshqacharoq xususiy ma'nilari, alohidliklari va ba'zisiniki mundaroq degandek. Xo'sh. Endi Qur'oni Karimda kizb degan so'zmi tilga olinadi, shu saydiganlarimizdan. Böhtan degan so'zmi tilga olinadi, iftira degan so'zmi tilga olinadi, ifki degan so'zmi tilga olinadi. Bu har birisi tilga olingan vaqtda buning oyog'ida bir xulosa chiqariladi. Endi bu hozir bizningki aramizda bo'layotgani bizning jamiyatimizda, ya'ni kishilar butun insonlarning o'rtasida mavjud. Shunda aslsiz, sifatsiz narsalarni o'tirg'a chiqib, boshqalarni xonuplashtiradigan, boshqalarning izzatiga yoki obro'yiga tegadigan, hujum qiladigan, uni tushirmoqchi bo'ladigan shunday narsalar, shunday bir sifat butun insonlarda mavjud bo'lgandan boshqa musulmonlarda yomonroq ig'ir bo'layotdi. Dunyodagi musulmonlarda, arablarda ko'ramiz buni ig'ir. Ammo bizda favqulodda ig'irda rekord yaratib desak bo'ladi. Boshqalarni ayıplash, boshqalarning yuzini tushirish, boshqalarga har xil ajoyib baholarni berish jihatda biz rekord yaratdik. Bu qanday narsa? Yolg'on deganning o'zi Qur'oni Karimda yoki hadislarda arabchada kizb deb tillanadigan bu so'z. Biraz umumiyroq bir so'z. Yolg'on degan bu so'z. Bu buningki yolg'on degan ma'nosiningki yaxshi chaqlarimi bor. Bu asli yolg'on gunoh bo'ladigan ish, xato ish, jinoyat. Ammo yaxshi bo'ladigan chaqlarim bor. Qanday chaqda desa, boshqalarning o'tirini isloh qiladigan chaqda. Ammo biz davatgan hozir ustida to'xtalayotgan navbatdagi temamizdagi töhmet, böhtan degan bu narsa, boshqalarga qora chaplash degan ma'nosi aşı günahılam apırdıgan narsa. Bunun hiç qanday o'ng tarafi yo'q. Bunun 4-6 tarafının hemen örülse hem yerden hata çıkılgan. Hem yerden hata belgesi koyulab evvel çıkılgan bir narsa bu. Böhtan başkalarını qaralash degan bu narsa. Bu böhtan degan bu hukmning o'zi odamningki mu'min bo'lsa, mu'min şu böhtan to'quvchi kishilar o'tirisida bunday kishilar kemas gap taqatadigan bu odamning o'zi mu'min islom diniga e'tiqod qilgan odam bo'lsa, shu böhtan degan shu narsaning o'zi qanday qiladi? Shu odamning iymonini sustlashtiradi, u odamning o'zini fosiqlashtiradi.
o adamımızı fasıklaştırdı. Benim mişade bir gapni qıstursam, mesela hazır naq cemiyetde bulayotgan mesele, hazır iniqdan iniq böhtan çaplamagan taqdirdimi, aşının o'xshaydigan bir gapni birisi to'g'ri yozgan bo'lsa, darhol buni isbotlash. Ya'ni buningga masalan, ha shundakan deb buni tasdiqlash. Hı. Bu mesele qandaq bir mesele yani. Yani bilmeydi, onun ispatı yok, ya resim yok, ya videosu yok, ya sözü yok. Ama palançı manda deptiken, aşta depti o karangla, muştaken depla, muşu ispatsızla, muşundak mesele kanda karayımız. Aynı. Hı hı. Aynı. Birisi başladı, birisi onu söylep etmangda, o herip kalkıp birisi etmangda okşaş nerse. Muşula bir hatanı bir yerge aprışta, bir yerge aprış için, ma'lum kişilerge yetkiziş için birisi deppe, çıkırıp verdi, teyalap verdi, bojanlap verdi, verdi. Birisi onu kötürüp biski verdi, okşaş. Elbette bunun beşli takatkını cinayette tabii ki başkalarının eğrirak oldu ama başkaları mı aşın tasdiqlığını mı başka hiç çıkamayette aşındayken zaten hem bundayken de tasdiqlığından üzümü bir cinayet. Yani bunu böhtan degen bu gapning o'zi kelsak, endi buning lug'at ma'nosi, istiloh ma'nosi deb o'tsak, omma xalqimizning kallasi biroz qayidi. Bu aslida bir tal nuqtani eskartib qo'yamiz. Böhtan degan gapninki bital ma'nosi. Bu bunday gangrab qilish degan ma'nodagi so'z bu. Aslida gangrab qilish, nima qilarini bilinmay qilish. Bir adamning nima qilarini bilinmay qolgan holatini isbotlaydigan bir so'z bu. Ya'ni demak, dal odamlar o'zi nima ish qilishni, nima deyishni bilmaydigan odamlar, nima qilishni yoki nima deyishni bilmayotgan vaqtda ayda jon talashgan narsa hammaga usib boqqanga o'xshash, ayda hamma narsani deb boqadigan, hamma narsani qilib boqadigan muyda bir narsa o'tirg'i chiqadi ekan sifat. Muyda bir illat o'tirg'i chiqadi. Yani bu böhtanın özü hakkında Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala nim deydi, Resulullah nim deydi, degenden biz arılıp mağanmayımız mümkün emez. Bu hakta biz odul şu Kur'an-ı Kerim'deki körsetmeki kersek, Cenab-ı Hak Subhanahu ve Teala Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Kur'an-ı Kerim'de İnnemâ yefteril kezibe ellezîne lâ yu'minûne bi âyâtillah dedi. İnnemâ yefteril kezib ellezîne lâ yu'minûne bi âyâtillah. Hakikaten innema degen bu söz yaman küçük söz bu Arap tilde, şer'i bilimde nait rolü çoğun bir söz. Gep muşçu, bunundan başka gep yok. Gepnin hulası yalganni yefteril kezib ellezîne lâ yu'minûne bi âyâtillah. Yalganni Allah'ın ayetine iman etmeydi kadınlar tokoydu dedi. Bunu madar tekimi medreseciler tercümesini çıkarsa tekimi bunun asli manası yarkın çıkıyor. Tokoydu yalgan ne değil o? Gep bu şu. Bu şunun başka mesele. Hakikaten tokuydur yalganını kimlerse şundan bir kişileri ikiye deydi o. Ellezine degen. Şundan bir kişileri iki iman etmeydur bula Allah'ın ayetlerine. Allah'ın ayetlerine iman etmeydiğin adamlar tokoydu yalgan ne? Kolası kalam. Ey Allah Subhanahu ve Teala. Muşu azırk muşu töhmetni tokuş meselesini muş Facebook bilen WhatsApp olap durup sözleyli emniyetki olap durup yani hazır iniq bir adamga töhmet qilmadidu millet. Töhmet qilmadidu. Ama hiç ispatsız, delilsiz nersini derhal tasdiqladidu. Buni içpesik. Manda kileyler. Şununla manodun azrak mı kılıp kileyler. Mesela hazır buluvatkan neyse mesela bunu hazır siz teklif kılmagan bolsunuz biz maxsus bir to'xtalish o'ylashgan yoki de bunun ehtiyojli olgan bir tema bu. Sizlar bizning burunroq qadam qo'yiblar, buni aytdi, yaxshi bo'ldi. Allah razı olsun. Hozir bizning hammamizning ash o'ltigan qo'pma kundagi ash binasiga chiqsa qarasaqlam mayli Facebook mayli WhatsApp kuniga necha 10 ko'rimiz, necha 100 ko'rimiz, falani undaqcha, pustani bundaqcha, uning tegini bilamiz. Bundan degan narsalarni nayt ig'ir ushurtyapmiz endi.
Mesela falanı casus, falanı o mandaya çetildi. Ustanının falanıya bilen alakası var degen bu narsalar fevkalade egir. Xuddi zat aşunun bilen bildirdikidek. Aşı bir yer bilen bir alakası olsa, ba'zi bir şahsınki aşı alaka qilgan yer bilen alaka qilgan her vaqt u bildirdikidek mandaq şekilde gaplar chiqyapti. Mesela misal alsak, Muşu 5-10 gün ichida men acayip ikki narsani angladim mesela. Bu nurg'un narsani anglayapmiz, ammo mening qishimdagi munosabatlik narsadir. Biri bir kishini bir ahli ilmini bu vatanda buni men bilitdim deb birisi demişimdi. WhatsApp'ta nimasi uchratdik buningki, shu gapini. Bir shaxsninki bir ahli ilm haqida qilgan bir gapinimdir. Nima deydi bu gapda desa, men uningki vatandagi qanday odam ekanligini bilitdim. Men ko'zim bilan ko'rgan u vatanda paysoda ishlaydi degan gapni ko'rdim. Bildim o gapni, ajib gap. U asli balog'atga yetgan vaqtdan boshlab madrasada o'qigan odam. Madrasada o'qigan bir diniy bir muhitda yashagan odam u, boshdan oxirigacha. Yosh vaqtda taliblik bilan, undan keyin da'vat bilan yoki ustozlik bilan her holda Yani xulasida o adam yani burunqi ma'lum bir narsani tutib turib, uningga rasmiy chabandan birini kiydirib, buni mundaq bir qaralash xarakterda bir jamiyatga o'tirib chiqqan demoqchisizlar. Ya bu depmi, mundaqmi deydigan gapda, bu saqchi bo'lgan deydigan gapda. Bu vatanda paysoning saqchisi degan gap. Biz onun andaq emas ekanligini bilamiz. Mesela bu bir misal. Yeni birisi bu hozir sizning deganlari ochiqdan ochiq aniq tuhmat ham. Ajoyib aniq. Yeni birisi haqida bunda deydimdi. Bu palanınki 3-4 ayol var da bilmez. O Türkiye pasportunu ep bo'lganda bilitdik. O bu deganda bir gap bo'ldi. Ya andaq emas, Türkiye pasportum emas. O 4 xotni yo'q, bir xotnim yo'q uningki desem, andaq emas to deydi. Ya aslında bu qanday deylar desem, ya biz onun bunda neçə qatım oturup deyişken be başqalı bilan. Bunda neçə xotnuymuş onunki, Türkiye pasportuymuş, şuna bundaqmış deb bunda deyişken çok deydi. Türkiye pasportumu yo'q. Söz emas, bittal xotnumu yo'q. Hozirgi xotnama yo'q bu yerda. Men bilmem bunu. Men o'zimni bilganda bilmem bunu. Bildingmi? Mana faqat bilmaydigan narsanimi mana mushunda 1000% biladigan bir şekilde o'tirg'ach qoldi. Bu misal tutib aldım bu ishkinasini. O uningki diguvchilnimi, deyilguvchilnimi men bilgan bo'lganligim uchun. Xo'sh. Demek aramızda mana mushu qitim, mushu bir ish kuchayning mobaynida siyosiylar arasida ig'ir darajada o'tirg'i chiqdi bu masalalar. U anda uning tigini bilamiz, uning nega chetiladiganini bilamiz. Mundaq degandek bunda qiyli qol deymiz-ku buni. Bulab demiş, itmiş, andaq meki degan narsalar ig'ir darajada o'tirg'i chiqdi. Xo'sh, buni mushulning hammani nima deymiz desa, tuhmat deymiz endi. Ya'ni boshqalarga urunsiz bir narsa deyish, bu başkalar hakkında urunsuz, ispatsız söz kılış, başkalarının hiç kandak alakası yok, işlağa başkalarını mensup kılış, bağlap, çönüş ve çöndürüş. Bunun hemmini hep baydıgendek iftira deyimiz, behtan deyimiz, töhmet deyimiz. Bunun kanında Allah subhanahu wa ta'ala baydıgendek innema yefteril kedibe ellezine la yu'minune bi ayatullah. Kezip ne, yalgan ne? Bunda yok narsini oşundaq deydigan bunda gapni Allah'ın ayetiga iman keltirmeydigan, iman etmagan adamlar to'qiydi. Mushundaqlar adamlar o'tirg'i chiqirdi. Dedi, deb bo'lib ayg'idin deydi onday. Va ulaika humul kadibun deydi. Qarasam, va ulaika humul kadibun. Asli falani ondaq ustani ondaq qildi, ondaq qilgan, bunday etgan deb başkalığı böhten tokuvatkan aşının üzü böhtençi asli. Üzü yalgancı. Üzü aşında asli. Devatıdı o. Ispatsız şekilde her qandaq bir narsani o'tirib qo'ygan kishini ko'rsatdi bu. Elbette. İspatsız. İspatsız, delilsiz.
Müde oturup koyatkan, müde nasıl? Muşa adamga qanday jazo berildi? Masalan, endi uni sizlar %100 bildigan xotinimi yo'q, nimasimi yo'q bir adamga uning 4 xotini bor ekan, 5 xotini bor ekan degan adam ashda gap taqitibdi. Masalan, buningga shu adam ustik kelib qoldi deyli. Masalan, ash xotini yo'q adam ustik kelib qoldi deyli. Buning amaliyotda xotini yo'q. Shuning bilan bu adam buning quliqidan tutib shu yerda nima deyapsiz? Mening bu xotinim bo'lmasa, mana bu 2-4-5 xotinni nim qilibsiz, men sizni arz qilaman deb qozining oldiga borsa, qozi nima deydi bunga? Ya'ni bir islom hukumati nima deydi bunga? Eğer hazır değil desler hazır desek bulurdu ama eğer sel toxtab deyimiz islama ben biraz Ha, tamam. Mayli birozdan keyin desek mi bo'ladi? tamam mesela. Bo'ladi. Ben bana bir boğulak mı ayılık kısay degendek Qaltining og'zini bo'g'ilab ol. yani keçidinmelik uykusuz oğaşka doktorxunda olab kallamdan gap kaçıp ketmesin deymen. Bo'ladi. Shuningdek, yine Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinde وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا Bir adam bir hata işten beni sadır kılıp bulup ya ki günahdan beni sadır kılıp bulup üze ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا Onun dinkin aşı kılgan hatalıkını üze hatalık sadır kıldı. Onun öyle boldu kılmazsın da aşı kılgan hatalıkını götürüp yeni bir küksüp koyduğun bir iş var da. Allah şunda da var. Bu şunda kılganlar deydi. Hatalıkını özü kıp bulup kimdi kim? Kanda bir hatalıkını sadır kıldı iken. Hatiyetten. Kanda bir hatalıkını sadır kıldı iken. Ya ki kanda bir günah cinayetini sadır kıldı iken özü işleydi iken işlep bulup onu başkalığı küksüp koydu iken palanı kıldı. Palanı şunda kıldı. Maaşlı kılgının palanı. Deydi iken فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهْتَانَ وَاِثْمًا مُب۪ينًا O buhtanın üstüge aldı. Ve hakik uçuk boğan bir cinayetle üstüge yüklü oldu. Buhtanın cinayetini yükledi. Hem de kıyamet günüsü bunun derdini tatlı davatır Allah subhanahu wa ta'ala. Bizde hem bir gebe kokkan baldıymış götürüp deydiğen. Aynı şu neyse hem bizim cemiyetimizde mevcut. Üzü çatak eden, üzü yalgancı olsa aldırıp falan başkalarını yalgancı değişke aldıraydı. Üze casus olsa başkalarına casus değişke aldıraydı. Yani üze gereksiz olsa ya da kabiliyetsiz olsa, iktidarsız olsa başkalarına iktidarsız değişke aldıraydı. Bu neyse mevcut. Üze şu kokkan baldıymış götürüp degen bu gap yaman cıh gapninki kulası şu bu. Hoş. Endi bundan bir mesela endi bayqı ayette biz Allah subhanahu wa ta'ala yalganni Allah'ın ayetiga iman etmaydigan adamlar to'qiydi degan bu Allah'ın bu ayetini dedik. Mushu ayetning beshida bir ayet var. Size keldi mi? Mushu ayetning beshida innellezine la yu'minuna bi ayatillah la yehdihimullah ve lehum azabun alim. Şu ayetin başta şu var. Bunlar yani yalgan to'qiydigan adamlar Allah'ın ayetiga iman etmaydigan adam ekan. İbay ayetin bunu tushundik. Allah'ın ayetiga iman etmaydigan adamning ahvoli nima onda bo'lsa? Bunun neticesi nima? Yani bunda Allah'ın ayetiga iman etmaslikdek, bunda süpetlik, bunda böhtanchi, bunda tuhmatxo'r adamning ahvoli nima? Onu Allah nima deydi desa? La yehdihimullah. Ularni Allah hidayet kılmaydı dedi. Allah hidayet kılmagan insan hiç kim hidayet kılınmaydı. İlahi kanuniyet. Allah onu hidayet kılmaydı dünyada. Onu üzdünki haletine taşlap koydu. Allah'ın aldığı bağında ve lehum azabun alim. Onunla dertlik azap var. Onu vaycaylatılan, çekirtilen azap var dedi. Allah'ın ayetiga iman etmegan, Allah'ın ayetiga kulak salmagan, ağzıga kelgende degen, aldığı kelgende kılgan adamınınki dünyada ko'radiğini Allah'ın hidayetinden mahrum kılış, kıyamette olsa dertlik azapga mubtala olur. Mana bu katalık bu Allah'ın hidayetinden Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala bizge oldu bilen şunu götürdü ya. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin deb bundak dağla. Gitmanlı mında başlanla hem de lan başlanla degen ügetkendin ken
Tunca hem dedin ki tunca teleydiğin nesimizi bizge götürüp ihdine sıratal mustaqim. Bizni doğru yolga yeteklisler dep dua kılınlar deydi. Bunun insanğa nispeten dünyadaki birden bir mühim narsa oğanlıktır. Hem de bunu Allah'ın ayeti ben keltirmesek, başında gerek emas yalganlarını tokusak, ağzımızın kelgende deversek, anlaganını sürüştükmeyi oturup çıkırıversek, bana mayna neticeye erişir ekenimiz. Bana bu en ağır netice. En ağır netice. Allah saklasın. Ondan başka bu ne mi degen? Bu behtan tokuş ya başkalarının inavetini tükeş, başkalarına yok nersini çaplaştığın üzere bu onda adli iş emez. Sel karaydıgan iş emez. Bunu Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'den Euzubillahimineşşeytanirracim bana İz telakavnehu bi elsinetikum ve tekulune bi efahikum ma leyse lekum bihi şey'un ma leyse lekum bihi ilmun ve tehsebunehu hayyinen ve huve indallahi azim. Seni öz vaxtıda ay böhtanını öz ara yugu düşüp ingimingı ötkep yürgen vaxtlarыңızda mıyda kıldanlar öz vaxtıda ondan başkasını hiç bilmegen narsini ağızlarında diyiş büyüdanlar. O nesile ve tehsebunehu hayyinen. Sile aşı böhtanını tokuşne ve onu ağızdan ağızga ötkep yürüşne nayet adli iş çağlap kaldanlar. Teksel karadanlar bununla. Bunu deyimiz deplam desanlar. Ha aşındarken de tasdiqlap koysanlar boğanğa qarab sile. Bek adli qarab kaldanlar bununla. Onda adli iş emez o. Ve huve indallahi azim deydi. O bu bundakiler kemiz böhtan tokuş, başkaları yok nersini bağ diyiş, başkaları kımıgan işini kıldı diyiş. Bu Allah'ın nezirinde, Allah'ın huzurunda acayip yoğun iş bu. Bek çok cinayet bu. Hep Allah Subhanahu ve Teala alahide bu ayet nazil kılgan bir mesele bu. Bu bir tripe. Ondan başka Kur'an-ı Kerim'in yine başka ayetlerde bununki bu böhtandan ibaret bu işinki eziyet ikenligi hakkında hem Allah Subhanahu ve Teala bir ayet nazil kılgan. Onu وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُب۪ينًا. Müminliğe, ayıl müminliğe eziyet vergen kişiler, yani ular kılmagan işini kıldığı da بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا müminlerin sizin kimde kim mesela hiç kımıdı. Ya hiç ne demegen bolsa mu? Birisi kopup o anda dedi, bunda kıldı degen nerse bilen onu kanda kısa, ona eziyet verse fakat ihtemelu buhtana ve ismen mubina. Böyle degendek o hakikaten üstüge böhtanı yüklüğün buldu. Böhtandan ibaret bu sıfatını üzüge yukturgan buldu. Ve aşınınki uçuk cinayetini, günahını üstüge yüklüğün buldu. Digen ayetleri arkalık bu böhtan yaki de bu töhmet bu başkalarını karılaş, başkalar hakkında ispatsız, urunsuz bir neslerini ağızlı kâginti deyişinin özünü Allah'ın nazarında şeriatte kançılık ağır işkelligi, cinayet işkelligi, günah işkelligini bu ayetlerde Cenab-ı Hak Subhanahu ve Teala ne kıldı oturup koydu bu yankıfadı. Bu demek bunu yukarı okuyan ayetler arkalık ve başka hadisler arkalık bu böhtandan ibaret bu neyse, bu töhmetten ibaret bu neyse, başkalar hakkında yalgan etmiş, başkalar kımıganı kıldı, etmegen eti deyiş, başkalar hiç kandak alakasız boğan işini onun bunda alakalık da oturup çıkış hatalık bu işinin özü şeriatta haram. Bunun aldı bilen bunun hükmü ne mi oldu ise haram. Bu haram, bu kebir günahlarını hesaplanır. Kebir günahlarını hesaplanır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bu şartı kelgen hadisleri var. Yani bir adamның hoş. Bir adamni bilmey turup Hoş. bu anda manda deyişin o'zi haram. Yani sizinki bugunki bu dersden şu cevabını çıkarıp tuttuk hazırca. Hoş. Yani men sizning masalan iqtizodlarini bilmayman shaxsan. Misol olaylik keyin bir-birimizni. Iqtizodlarini bilmayman, ammo mushu Ali Akbar damollojim bek boy adam juma. Mushu adam nayt puli jiq, ammo mushu hajlamaydi.
mush adam bexil adam ya vatan millatga yordam qilmaydi desam, mana bu harammi? Yani haram degan gap chiqdi bu yerda. To'g'rimi? Aydak adam bo'lmasa, aydak desa harom bo'ladi. Masalan, men bilmadim, sizlarni bilmayman zodi. Boymi, kambag'almi bilmayman, ammo sizlarning gumon qilaman masalan. İçimde özem o'ylab bilib, bu adam bek boy adam. Ammo bu adam faqat millatga xajlamaydi, u bu deganligimning o'zi bu yer shariatda nima bo'ladi bu? Bu misolning birinchisi bu. Haram bo'ladi. Delili Kur'an-ı Kerim'deki Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu ijtenibu kesiren minez-zann. Ey müminler, iman etgan kişiler, sizler gumanның köpünçüsünden nima qilinglar, saqlaninglar, yiroq turinglar degandiki, ijtenibu degan emrni bu nima uchun desa, hurmat uchun, ya'ni haromlik uchun deymiz. Yani şunun haramligini ifodalaydi. Hech qanday isbotsiz boshqalar haqida boshqalarni gumon qilish. Ya'ni asoysiz, aynisiz degandek. Andaqmish, andaq miki, mandaq miki, andaq bo'lishi mumkin degandek, mushundaq narsalarni demanglar. Bundaq masalaga nisbatan sizlar chat turinglar. Uning bilan orliqinglarni oringlar bundaq gaplardan. Chunki u nimaninki ba'zisi inna ba'daddanni ismun. O bir qism gunohlar, ba'zisi gumonlar. Ba'zisi to'g'ri chiqib qolsa-mu, bir qismi u gunoh bo'ladi. O sizlar o'ylaganday chiqmaydi. Unda bo'lganda sizlar o'zingizlarni yuklagan, gunoh yuklagan bo'lasizlar. Va la tajassasu. O bir-biringni ko'ziga olmanglar. Bir-biringlarningki maxfiyatligini, uning xususiy ishlarini, shaxsiy ishlarini aqtirib o'tirg'i chiqarishni izlamanglar. Tajassasu degan. Taftish qilmanglar degan bo'ldi. Aqtirmanglar, matilamanglar uni. Mushuning o'zi mayli to'g'ri bo'lsin, mayli shu boy bo'lsin, boy bo'lmasin, bir insonning uningki keniga kivilishi, uning g'amini yeyishi, uning boy ekan, emas ekan, ukan, bukan degan bu temaga kiyishining o'zi shakllanadi. Va la tajassasu deganning o'zidan va la yag'tab ba'dukum ba'da. Bir-biringlarning keynida gap qilmasin. Bir songlarning keynida gap qilmanglar, bir songlar gapini qilmanglar degan bu orqali yo'q edi, u andaqmish, mundaqmish, andaq ekan to'q, mundaq ekan to'q degan mushundaq narsalarni demanglar degan narsa bu. Shuningki maxfiyatligini yoki uningki kayfi qandaqligini bilib surishti qilish orqali tinglab buni yaydigan, o'tirg'i chiqiradigan mundaq qiliqsizlikni qilmanglar degan bo'ladi. Va tajassasu degan. Yani ikkinchisiga kelsak, mushuning ikkinchisiga kelsak, uni bir odam angladi deyli. Uni masalan men bir 2-3 odam boya degan bo'lsam, o 2-3 odamning ishinish kayfiyati qanday bo'lishi kerak? Ya'ni men sizni bilmayman, ammo sizni ta'riflab beraman. Qanday ishinidir? Qat'iy ishonmaslik kerak. Uningga shu gapni mayli qanday alatga gap bo'lsin, mayli siyosiy gap, mayli saydiganda gap, mayli diniy jihatdagi ba'zi axloqiy jihatdagi gap bo'lsin, nima olsun bir adam kelib sizlarga masalan falani andaqmish, undaqmish, mundaqmish dedi. Degandan keyin deyishlari sizlarningki shu aman xato. Eshadiki va la tajassasu va la yag'tab ba'dukum ba'da degan nimaga mushu oyatlarga xilof bo'ladi. Ya'ni undan boshqa hadislarda sizlar boshqa qarindoshlaringizning maxfiyatliklariga ergishib olmanglar. Uning keyini kiyib olmanglar. Shuni bilsam bo'ladi deydigan bundaq yerdan chiqtinglar, bunda ishni qilmanglar degan hadislar bor. Sonra sizlar uni cho'qim qanday qilish kerak? Uni rad qilish kerak. Menga demaslar o gapni. Undaq emas deyish kerak. Yoki bo'lmaydi, agar u gap salmoqqa cho'ngroq gap bo'lib qolsa, umumga munosabatli gap bo'lib qolsa, bu zodi qanday masala ekanligini buning orishga tegishli yoki bilishga tegishli masala bo'lib qolsa, yoki boshqa deyishga tegishli gapga deydigan bo'lib qolsa, buni aniqlash kerak. Qur'oni Karimning o'zida Alloh subhanahu va taolo nima deydi? Mush oyatning o'zida maxsus sizlar bir-biringlarningki nimasini g'aybatini qilmanglar, tajassus qilmanglar degan sura Hujratning o'zida birisi bir fosiqning o'zi sizlarga xabar olib kelsa, sizlar uning xabariga ishonishdan burun uni tashrif qilinglar deydi. Fatabayyanu degan uni aniq bir shaklda, ro'shan bir shaklda isbotlanglar. Bunun keyniga kiyinglar, ya'ni buni tahqiqlanglar buni. Shu
anlagandekmiken emasmiken? Hmm. O anlamay, teşrif bakmay turup, Hmm. iniqlab bakmay turup, onun paketini izlep bakmay turup, aşı bisik digen bu içi aşının işini kitip kalsınız. Siz aşı asasta aşının gipigi işini şengellik sebep bilen muşu karıştı bulup kalırsınız ya ki de muşu karışını başkalarına takip kalırsınız. Şunun bilen siz bir hatalık sadır kılırsınız. Hmm. Ahirde siz bunun bu kılmışınızı pişman kalırsınız. Dünyada pişman kalırsınız. Ahiret yani ki ahirette pişman kalırsınız. Çünkü bunun dünyada muvabalı olurdu. Ahirette Allah'ın aldığı vağında muvabalı olurdu. Mişədə mən sözlərini kesib qalım Mişədə. Çünki naq meydanda Ayaz Ata degan bir qərindişimiz 20 yılın yağı Xitayga bir pay oqatmay Uyg'urlarni Sharq Turkiston jihadiga yordam berish uchun Suriyaga kelinglar desa yolg'onchi bo'lamdi, bo'lmamdi degan bir gapni yozibdi. Masalan, bu gapni masalan nurg'un odam angladi deyli, hozir ko'di. Shuning bilan bu o'ttirg'i chiqib, bu kim degan bo'g'iydi Suriyaga kelinglar degan bir gap chiqdi. İnsanlar gumonga tushdi. Masalan, bu yerda bu qarindishimiz ya palonchi dedi demabdi, ya pokonchi dedi demabdi. Agar ma'lum insonlarni ko'z tutib degan bo'lsa deyli. Rost degandek, ma'lum insonlar Suriyaga adam chaqagan bo'lsa, dunyoning qanday yerda bo'lsin, chaqagan bo'lsa. Mushu qarindishim shu odamni birsidan anglab, mushu to'plarda, Facebooklarda, WhatsApplarda desa, bu to'g'ri bo'lamdi. Ya'ni bu qarindishim isbotini bilmaydi. Chaqaganligini bilmaydi, chaqamaganligini bilmaydi, ammo ko'chalarda anglagan ya to'rdan bir yerdan anglagan. Ammo buni mushundaq naq maydonda yoki WhatsAppda ya Facebookda buni taqasi bo'lam deydi. Bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Qat'iy bo'lmaydi. Shu so'ydigandek ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Sizlarga birisi bir shu boshqalar haqida undaqmish, undaq degan qiyliqlarni ko'tarib kelganlikning o'zimi bir nimalikning alomati da'votidan beradi. Fasiqlikning alomati. Bunun ishonmanglar. Fatabayyanu shu hamon deydi. Fatabayyanu degandiki fa deganning xususiyatini siz tushuninglar. Shu gapni anglagan hamon sizlar o biraz mühlet qo'ymasdan darhol mush ishninki nimasi surishti qilinglar tegitakdini. Mush gapning asosini surishti qilinglar. Zat pakitva gapmi emasmi? Agar pakitsiz, sifatsiz gap bo'lib qolsa, boshqaligi qilingan bo'hton bo'lib qoladi bu. Bu bo'hton odamni Allohning hidoyatidan mahrum qo'yadigan narsa. Qiyomat kuni esa dardlik azobga mubtalo qiladigan narsa. Shunga buni shu hamon nima qilinglar bayon qilib, ochiqlashtiringlar. Sifatini izdanglar buning deydi. Bu sifatsiz bu yerdagi bu yozma degan narsani bu to'r dunyosi bir mavhum dunyo bo'lganligi uchun hammadan har xil narsani deydigan jahon bo'lib ketdi hozir. Bu burun tövbət to'qish, boshqalarga yolg'on chaplash, bo'hton chaplash yoki yolg'on yovudaq narsalarni bunda meni birib ig'izda bunda qiladigan to'qiydigan bo'lsa, ba'zi endi o yolg'onni to'qiydiganning bunda fabrikalar o'tirib chiqdi, hozir zavodlar o'tirib chiqdi. Burun bunda bir kunda birani to'qisa, bir ikkini hozir bir kunda bunda 10-15, 20-30 birayni to'qiydigan bo'lib ketdi. Albatta. Mesela o'tgan qatimliq programmamizda, mushundaq haftalik programmamizda birisi Urumchidan turib yozdi. Başta biz bununla gap so'zlarga yaqindan diqqat qildik, ammo keyin uning IP adresini aniqlasak Urumchida yozibdi. Demak, mana mushunda ya turib yozaverdi yani Xitoyning odamlar. Bizni urushga selish uchun. Shuning uchun qaraslar bu mushuning bir misol olaman. Mushu oyatni men boya o'qigan. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu degan. Men Misrdagi vaqtimda bir programma ko'rib qoldim. Kompyuterda bu yerda ushurdim ya bir televizorda bu yerda ko'rdimmi? Bir suhbat programmasi ekan. Bir o'zi Hristiyan Georgi Qardahi deydigan bir inson ekan. Bu arab emas ekan aslida. Boshqa bir millat ekan. Ammo hozir bunda arablashib ketgan, ya'ni shu yurtning tili arab bo'lg'achqa shu davlatning tili. Arab davlat tili bo'lganligi uchun arabcha qo'llaniladi. Televiziya programmalarim arabcha. Shuningda bir programmada bu
Özü esir riyasetçi, lekin başkalar tarafından ziyaret kılınıptı bu katın ben demek çoğunda. Şununda sizden biz Müslüman olup dep anıldık. Dese ya ben Müslüman olmadım dedi bu. Ya bu gap hali igir bu. Lan keng takaldı degenden keyin ya ben Müslüman olmadım. Dese sizin Kur'an okuğununuzu anlaptı başkalar. Degenden keyin ha Kur'an okuyman. Yani ki yadımı bilemsiniz dese ne bilemen dedi de bu. Hemmini bilemsiniz ya hemmine meşgalecik bile çıpar bilemen dedi. Neme üçün bu Kur'an'a bunda kızık kaldınız dese bu insan neme deydi? Men kıyamette mi necet tapmışlardan buluşunu kalayım ben. Bunun burun ma dünyada en beklik insan bulup yaşasını kalayım ben. Ma dünyanın bir insani ma dünyanın dünyalık nemeden bekteden behremen buluşunu kalayım ben. Bektiyar insan buluşum ne? Yani manda ufuk kazangan insan buluşumda kalayman, izleymen, şunu arzu kılıman. Onun için bana aşı behtiyarlıknınki, behtlik yaşayışının yolunu gösterdiğin bir destur lazım. Aşında bir harita lazım bana. Benim ihtiyacım var. Onun için ben yaxşı görgen birden bir en yaxşı harita, en yaxşı yol yürüp görsetme Kur'an-ı Kerim. Benim Müslüman buluşum lazım mez. Ama men behtiyar yaşayışını kalayman. Aşının için ben Kur'an-ı Kerim'i yaxşı görümen. Dep gelip bu nemi deydi desler? Muşu ayetini misal kıldı şeyler. Mesela karang deydi. Muşu ayetini muşu sure Hucurat'tan bir 5-3 ayetini okup ya eyyühellezine amanu in ca'akum fasiqun bineba'in fetebeyyenu diyen muşu ayetini okup en tusibu kavmen bi cehaletin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin diyen muşu ayetini okup bulup buna mavu Kur'an-ı Kerim bilen bağlıydı. Silahı birer şahıs, birer fasık, birer insan başkalar hakkında haber ederse onun işinişten burun aşının gibi bu içi iş güreşten burun fetebeyyenu buyruk olan davatıdır Kur'an-ı Kerim. İniklanma, ciddi, derhal iniklanma, ispatlanma. İspatlamaya durup bunun karşısına ispatı bildirmenle. Davatıdır. Bana muşunda yol yürük lazım. Muşunda boğanda deydi bu. Muşunda boğanda biz karındaşlar ara, uruk tukkalar ara, dostlar ara, hizmetdaşlar ara, aralıkta muşunda hapılık, çünüksüzlük, cidel macera, ziddiyet, tokunuşlar ne midin gep çıkıdı dese, muşunda bu yerden kelgen gep, işin işten gep çıkıdı. Sürüştük ama işinip getişten gep çıkıdı. Aslında ben muşu ayetini bilmegen bolsam, ben bu nurgun edemliler, nurgun karındaşlarım bilen, dostlarım bilen kapılışa buluşum mümkünde. Ziddiyetleşip buluşum mümkünde hatta. Ama ben muşu ayetini görsetmesi bilen, benim dostlarım köpeyci köpeylikki ozaymaklar. Allah razı olsun. Kırındışımız Ayaz Ata kırındışımızdaki bir sualını ben sözlerine hazır yani kaytur birimizliğe. Sualını ben köydüm. Ve bu sualının bizden bugünkü dersimiz Suriye'ye edem çakağallarının meselesi emas bu yerdeçu. Bizden bugünkü dersimiz anlagan gepni torda taqitishninki İslam'daki hükmü hemde. Şuna olganken bu qerindishimizningki sualini men o'zgartib a şekilde cevap bergen boldum. Herkesime Ayaz Ata qerindishimizga nisbatan manda sualni so'rabsiz deb tanqidlashmoq istemas. O qerindishimizkin o'zi debdi, men telefon qilay. Biz sizlarni hurmatlab ko'ryapmiz debdi. Inshaalloh hurmatlaganligingiz uchun ko'p rahmat. Allah razı olsun. Bizim sizlarni hurmatlaymiz, aziz qarindoshlar. Hurmatlamasanglar mayli, ammo biz sizlarni hurmatlab yana mush ekranning oldida o'tiramiz inshaalloh. Telefon qilsanglar bo'ladi, naq maydonga telefon qilib qanday gapinglar bo'lsa desanglar bo'ladi. Telefon nomeri ma ekranning ustida bor, WhatsApp nomer. Naq maydondan Ali Akbar Damullajim akimizga telefon qilsanglar ham bo'ladi. Qaysi shaklda qilsanglar bo'ladi aziz qarindoshlar. Ya'ni hech nimadan qo'rqmanglar. Haqorat qilmay, haqorat so'zini ishlatmay, qanday savolinglar, kallanglarda qanday bir narsani tushunmagan bo'lsanglar, bilinmagan bo'lsanglar bilsek cevap verimiz, bilmesek bilmeyimiz deyimiz elbette. Şunun için bu yerde Ayaz Ata qerindishimizningki o'tirib qo'ygani Suriyaga adam chaqadi deydi. Tamam, adam chaqasin kim chaqadi? Nerede chaqadi? Nimdeb chaqadi? Mesele bu hazır. Bizning bugungi dersimiz bu. Herkesime Suriyaga adam chaqadimi, o chaqamidimi? Mesele o emas. Onu mu bir kuni ko'tarib chiqamiz inshaalloh. Kim chaqadi? Ko'tarib chiqamiz. Yani
Siz eğer düşünmegen bolsanız derhal telefon kılın. Kimden anıldınız bunu? Kim devatıdı bu Suriye'ye edem çakırıptı dep? Kim kimini çakırıptı? Avazlı kocutu var mı? Ya kötü kocutu. Avazlı kocutu var mı? Sın var mı? Mesela Şarkı Türkistan İslam Partisi ezelden 20 yıldan beri çakırgılık kışımızı kılınla, cihat kılınla, uruş kılınla, okuytanla dep. Misal onun avazlık ispatı var 190 kısımga yakın radyo ispatları var. Onundan başka teşkilatlarınki avazlık ispatları var. Onundan başka İstanbul'da mı ya dünyanın başka ülkelerinde mi kim Suriye kilanla dep edem çakadı onunki ispatı olsa oturup koysanlı buldu. Bombası ispatı yok nesini deyişinin İslam'daki hükmü nime dep Ali Ekber Damallacım bilen bunu biz münazırlaşıyordumuz. Buna cevap ilevatımız. Hoş. Söz sildi. Karındaşlarımız telefon kayısı bulayıverdi. Hoş. Hoş. Demek aşı insan canda, Müslüman boğmagan bir insan canda şunu davatıdı. Muşu ayetinin üzeri, eğer Müslümanlı olsun, meli kim olsun, muşunun bu işi şükür olsa, hiç kandak ziddiye çıkmaydı, kımıl ağır çıkmaydı. Yani nahak işler, kararlar çıkarılmaydı, oturup çıkılmaydı. Hata yekünler çıkarılmaydı. Nurgun ziyandan, maddi manevi, nurgun ziyandan, xatarlıdan, hatalıklıdan, severliklidan saklanıp bağlı olurdu. Bunu Kur'an-ı Kerim'de iniq bayan kılınıqlık. Bana bunu şunda yol yoruq gerek. Şunun için ben bu Kur'an-ı Kerim'i yaxşı görmə degan bir gapni qildi. Demek, Kur'an-ı Kerim bizden Kur'an-ı Kerim. Allah bunu bizge nimet qilib Allah'ın min şükürü. Bu nimetinin bedeliga bizni yaratgan Allah özü üçün şükür etqili muvaffaq qilsin. Amin. Bunun da körsetme fetebeyyenu degan aşağıdaki ve in ja'akum kum degendeki şu kum biz şu. Eğer siligi bir fasık bir şahıs bir havana ekip qalsa degendeki silige degen biz müminler. Bu Kur'an-ı Kerim bizning kitabımız davat qalla. Fetebeyyenu degen bu bizge qaratilgan söz. İniqlanlar, isbatlanlar şunu. İspatlaganның yaqı an karar verenler. Aşında olsa aşında eken dep, onda bulmuş, onda emasken dep. Mesela ben birisinden bir gapni anladım. Mesela Türkiye'de palançı ya Polonya'da Amerika'da ya Hollandiya'da birisi moşundak yama iş qıptı ya tamak içipti ya arıq içipti ya koyumçılık qıptı dep anladım ben de koçidin ya ki WhatsApp'tan ya Facebook'tan. Ondan keyin Ali Ekber Damallacım kasılı qarşılamış Polonya'da birisi muşunda Uygurlarning pulini qo'yapti, muşta qo'yimchilik qilibdi deb yallarga kelsam, sizlar nim deb javob beringlar. Biroz amaliy deyishayli. Sizlar nim deb javob beringlar bunga? Tabii ki ben onun o gapiga qarata men savol so'rayman. Yani ya manga hozir ikkalan naq maydon dars qilayli. Mesela manga nim deb javob beringlar yani. Siz o adamni bilmeyla, men mi bilmeymen, men faqat ko'chadan o adamning yama ish qilganini angladim. Men sizlarga deb keldim. Siz nim deb javob bering? Birinci hususen men üzem deb desem, aşında mesleğe nispeten hadistima ve enzilun nasa menazilahum da bir hadis var. Kişilerini üzünün uğruna koyanlar, aşının layık uğruna koyup muamele kılan degan. Bu hadisni öğü işikten başlap, tövbüge başlap, hem işqi mağdıgan bir hadis bu. Çünkü vehiynin şerhisi. Hoş. Onda oğanlık için bana aşında bir gapni qilsalar meselesiyle. Bir adam bir kişi hakkında. Bu adam bundaqmış, ya andaqmış, onda qıtmış, ya bunda etmişler. Eğer aşı kişi, ben aldığından sorayım biri bilmesem o kişini, o qandaq adam o, kim o, nerede turulgan, neylik adam deb bunu sorayım ben. Yani nemiş kıldığın adam bu? İctimai ahvalı ne kısa? Yani bir hususi adam mı? Onu nemiş sorayla yani sizler derhal bana ya kardeşim bu adamın nimde yaman gibini kılsız demesinden onu sorayışlardaki maksatını bil olay. Dostlar, mesela aşını siler, bana aşını digen adam, bu tabii ki bunu saydıganda bana digen her bir adam ki ben okşa şekilde ifade ettirmeyim ben. Elbette.
Ben bazıske ya bu kurulgemden koşlar tata onda gepni deplam cevap verdiğin adam buldu. Shundoq. Bazıdan buldu hazır sili mesela sili men degendin ki siligi tata onda gepni demeymiz. Mesela ya ehli ilmemde gepni on tatisini bilip kıldığı adamın olup kalsa bununla estağfurullah bir nasıl işte olur. Yani ağzına kelgenler devam adam degenizden bununla başkasıra. Onda o şah gepni indim bir gepni alsın min götürüp bir kamında tutamı yok bir adamla olurdu. Bunun üstünden ay bunda gepni götürebilmişler deplam bir şekilde inek binası işimiz mümkün. Hususen mesela sinema ayda da kesler bu kişi kandak kişi. Bu mu maaşı anlamak kusurları bir ders olsun için bu şekilde batı mı bunu? Hoş. Hususi kişi mi kandak kişi? Eğer hususi kişi olup kalsa buldu kısla bu gemde kımısla deyimiz kin. Çocuk kağandan kin. Şengenden kin. Ya andak emes to. Aşında olsa mı eğer digil olsa ne set kılıyla. Bu olursa bu gemde değişiyle bu gemde değme. Hususen ben. Eğer o adam bunda cemaatlik adam bulup kalsa. Ya dini ehli ilmi. Ya ki de bir siyasi sahada bunda ergeç küsü var adam. Ya ki de bizim meselelerimizge tesir var adam. Bunda adam bulup kalsa bunu derhal sildin bunu ispat sorayım bunun en altından. İspat nerede? Delil var mı yok mu? Nereden anlarlar bu gep ne? Manı çaklap düşler. Çünkü bunun zihni fevkalade çok. Bu devatmanın emmesi şeriatın körsetmelerinin ki hulasısı bu. Böhtan mı? İftira, kizb olsun, böhtan olsun, töhmet olsun. Hemmesinin ki derecesi aşı karıtılgan kişinin derecesi bilen manadı. Mesela adetki normal bir kişilik adamga kılgan böhtan bilen normal adamdan birisi iyade işlerini sep kaptırıklar siptu bize dedi mesela. Bunun bilen falanı damullar yani bir tamnun tüyde ürtüklan o begutuk ya degenin farkı var. Adetki bir şahs bilen cemaatli kişinin farkı var. Ehli ilmininki farkı var. Degendek. Bunun cinayeti mi şu bu işim anladı. Adetki bir kişilik. Hiç kadar bir umumuyla alakası yok kişiliğin üstten. Böhten çaklagan bolsa bu anda kıldı, bunda kıtmış, anda etkilenmiş degen gepni kılgan bolsa bu mu cinayet hesaplanırdı. Lekin bu bunda cemaatlik adamga qarta kılgan böhtanның cinayetigen üstten sel tönrak durdu mu bu? Yani ispatınız var mı dep sorayımız yani. Sorayımız. Jigib aytkanda. Xalqimiz mana mushuni o'rganolmaydi. Mening bu savolni so'rashimdagi javobim shu. İspatınız var mı degan narsani o'rganolmay hozir nurg'un masalalar nizolar o'tirg'i chiqadi. Evet, birinci bunun yani iki nokta kısamızda bu gapni. Yoki bunun şu gapni olib kelgan odamga hay mushunday gapni bir qilishmayli. Demislar bu gapni bo'ldi. Deymiz birinci yoki ispat qildi deymiz. Bu ikkidan boshqa to'g'ri yo'l yo'q bu masalada. Muşunun siz kandak bir yakın çıkarıp kalsak, karar çıkarıp kalsak, hatta çıkıştı tutsakma, yani de şunu başlangıçlık versek mi çoğu, biz şunu ortaklaşkan bulup kalırız. Cinayetçiliğimiz. Çünkü hazır bunun keyinde ölüma mı ba, bu sualının keyinde ölümalı mı ba, akademikler mi ba, siyasi kurultay değil veya başka teşkilatlar mı ba, palanı teşkilat mandaçı iken ya andaçı iken. Mesela ben yakında bir teşkilatınki nizamnamasını resmen aktarıp izledim ben şu. Yani bu teşkilat Dünya Uygur Kurultayı. Çünkü ben nurgun haber kep gitti. Bu Dünya Uygur Kurultayı Abdunum Rayin deydiken, müstakillik demeydiken degendinken ben ulanın demeydiğallıqını burun kançımı çıkıllada veya ki ulan bilen hem sohbetlerde buluşarkalık bilsem mi yanılan bir ispat qarayıp torbitiga kirip bunun torbiti qaradım. Undan keyin ularning o'zidan so'radim. Mesela o'tgan qitimliq naq maydonda Dünya Uygur Kurultayı Abdunum Rayin demdu deb Erkin Ekrem efendimden mavur reisdan so'radim. Onun aldığık programma Dolqin Aysa efendim bilen Ferhat Yorunqash mavur reisdan so'ragandim, baş reis bilen. So'rasam ular bizden mumkin emas, bundaq ish yo'q. Hatta nizamnomamizning oxirgi
maqsadi Sharq Turkistonning ozodligi deb nizomnoma yozig'liq ko'rsanglar bo'ladi deb to'r betini shu vaqt yo'llab bergan kimma ichib qarab bu yerda unda bir gap yo'qligini bildim. Ammo hozir 3-4 kun bo'ldi jamiyatda. Bular mustaqillik demaydi. U bu degan gap qattiq taqilyotdi. Men buni misolga olaman, chunki biz har bir kelgan kasalni davolab menishimiz kerak. Hozir kasallik bu. Masalan, Dünya Uyghur Qurultayının nimaligini bilmaganlar yoki uningki nizomnomasini ko'rmaganlar, masalan, darhol buni bazoqqa silib, buni top-top taqitib demdi. Qarab tursam 2-3 odamdan birisining ovozi keldi. Ay to'xtamay to'ymat to'qiyotgan bir odam ekan. Qarasam shuning bular avtonom rayon, bular Şinjan deydi. Bu mustaqil demaydi degan odamdan birisi so'zlaydi, buning gapini xalqimiz taqitib demdi. Mening so'raydiganim bu endi. Buni tushunmay turib, ma'qul desin deyli, qurultay avtonom rayon desin. Ammo bu odam bir jet isbotini ko'rmadi, ya o'zining anglamadi. Ammo buni taqatdi. Buning hukmi nima yani? Bilmay turib, ya'ni hech qanday isbotlamay turib. Bu haramni sodir qilgan bo'ladi. Kabir gunohdan birini sodir qilgan bo'ladi. Bu tuhmatning qarashlar shuning o'zini saydegandek tuhmat desek, nima desek, shu 5 xil atoqniki emmishga tushadigan narsa. Bu tuhmat, ya'ni bir odamning yoki bir tashkilot haqida shu tashkilotningki aniq kayfiyatini, aniq amaliy ahvolini, ichki ahvolini bilmagan ahvol ostida xuddi uni biladiganligidek uningdan qaror chiqib, undoq bu mundoq deb masalan say degandek shunday gapni qilsa, buning qilgan bu qilishi mayli shaxs haqida qilsin, mayli tashkilot haqida qilsin, kim haqida qilsin, bu bo'hton. Bu boshqalarni qaralash, jamiyatlarni qaralash, guruhlarni qaralash bo'ladi. Yani bu nerede yeni bir ediş var, bir edişte 5 türlük iş var der. 5 türlük iş var, bu 5 türlük işinki kapareti yok. Dünyada bunu uygulamaydı. Dep gelip bunun birincisi Allah'a şirk keltiriş. Hoş. İkincisi nahak can öldürüş. Üçüncüsü lan bir müminni, özüme mümin Müslüman diyeceğim bir insanı yoki aslında bir cemaatni, bir topni, bir tashkilotni qaralash. Isbotsiz, paksiz qaralash. Mana bu shunda bir xatolikki, shunda bir cho'ng jinoyatki bu shirkning, Allohga shirk keltirishning qishda kelyotidi. Ashunda keltiryotdi Rasululloh. Ashuning qatorini tizib, bu qiyomat kunisi buning jazosi qiyomat kunisiga qoldiriladigan, Alloh o'zi e'tirof qiladigan, dunyoda ro'za tutish bilan yoki de pidye veriş bilen, yoki miskinligiga tamoq qilish bilan, ya qul ozod qilish bilan hal qilib olmaydi, buni tugatib olmaydi, yuqib olmaydi buningki kaltiqini, bu jinoyatni degan edisim bor. Demek bu shu darajada og'ir narsa, chunki buningdan kelib chiqadigan natijalar intayin xatarlik bo'ladi. Nurg'un ziyanlar kelib chiqadi. Biz media organi bo'lganlik uchun, masalan, yaqindan beri hatta men ularni Xitoyning odamlarimi demayman, chunki bek cho'ng isbotim yo'q qo'limda. Mana bu cho'nglarning gapini qilmagan cho'nglar qolmadi. Bir kun birisi telefon qiladi, palon rais, bir kun birisi telefon qiladi, paloni oliy rais, birisi tashkilot boshlig'i, birisi ulamo, birisi nima deb ashulning ismini olib turib, chiroyli gap bilan ular bek esil insonlar, ammo mushir mushtaq deblar shu asosan hamma yerdan nima qilib mushni bir ekranda yoki bizdan zo'ladi dedi shuni deyishga. Endi isbotingiz bormi? Tursanglar debma. Ya'ni bizga belgi beryapti, ya'ni endi ochiq deymizmi? Belgi berib bizga shuningki nimasini bildiryapti demdi, masalan. Bugungacha bir yil davomlab masalan ashta bo'lgandan keyin har xil odamlardan masalan ammo ba'zilarini uqib qoldim men, masalan Xitoyning naq adam ekanligini, chunki gap so'zlaridan nifoq chiqib turdi. Ularni uqib qoldik, masalan ba'zilar mushni ko'tarib chiqqan bo'lsalar ekranga deb aniq deganlar bo'ldi, masalan tashkilotlar o'tirisidagi. Endi Xitoy bizni bosh qo'yib yetmaydi, bizga masalan har xil gaplarni degan bo'lsa shu o'tirib chiqqan bo'lsa, bu mustaqillik bilan
Abdunum rayon degan gapni texmi bazoga solgan bo'lsa yoki tashkilotlar boshliqlarini bir-biriga bosh ustirgan bo'lsa degandek bizni bundaq tigimiz o't qalaydiganlar bor albatta, ammo biz buni diqqat qilamiz. Albatta. Xo'sh. Bu mesela bir teşkilatını yoki bir teşkilatning raisi yoki de bir kişisini rehberlerden birisini onda adam şunu bir mıkısak o'tdi deyishning o'zi o ayında boğmusu mu hata aşı digendek bo'lsa mu hata onu açıkış. Men setara muslimen setarahullahu yevmel kıyamet. Hadis. Qanday adam bir musulmonning ayibini yapsa deydi. O hech qanday xatolik yo'q, odamning xatolik yo'q buni deb qo'g'disa emas. Xatoligi bo'lsa-mu gerçi mumkin qadar shuni yushursa, uni bozorga chiqib oftobga solmasa, yermanki qilmay, uni qo'g'dab qolsa, yushurib qolsa, qiyomat kunisi Alloh mani yushurdi, mani xatoligini, buning jinoyatini yushurdi. Qanday bir inson bir qarindishini rasvo qilmasa, Alloh qiyomat kunisi buni rasvo qilmaydi deydi. Bizning islom dini mana haqiqiy adolat degan bizning dinda deb bundoq deyishimizningki yamanjiq asoslari bor. Bu nima desa, bizimcha hozir va bilgandan keyin uni çok bir qilib o'tish kerak ochiqib, uni butun xilq bilish kerak, sharmanda qilib o'tish kerak. İnsanning deydigan gapi endi. Ya'ni kelib bir xil insonlarning iymoniy jihatdan so'z ojiz bo'lgan insonlarning, ya'ni xatolikka yaqin bo'lgan insonlarning shahvoniy yoki hayvoniy quvvati moddasi eshib ketgan insonlarning ishi bu xarakteri. Ama dinimiz nima deydi desa, o gerçi ma'lum insonda ma'lum xatolik bo'lgan taqdirdami amal qilib yushirishni deydi. Amal qilib o'tirib chiqmaslikni deydi. Bunda deganligi shu xatolik yo'l qo'ying deganlik emas. Agar rost shu xatolik fatabayyanu degan shu xulosa shu. Uni aqtirib, uni isbotlab chiqing. İspatlab rost shunda xatolik bo'lgan taqdirda, ham buni shu o'zining yo'lda buni hal qilishning yo'li var edi, shariat ko'rsatdi uni. Shu yani sharoitiga shu chaqdagi bizningki, masalan, o'sha hozirgi vaziyatimiz naq gap qilsak degan so'zlarga nisbatan o'sha tashkilotlar masalasida ma'lum tashkilotni yoki tashkilotning ichidagi odamdan ma'lum kishini masala bor degan taqdirda buni cho'qim biz o'tirg'a chiqib yarmanka qilib pipan qilish lozim emas. Bunu o'zimiz bilib, yan ichida, ya'ni shu siyosiy qatlamdagi kishilar ma'lum nisbatdagi ahli ilmlar aralashib buni hal qilish. Buni mumkin qadar o'tirg'a ochiqmaslik bu dinning tashabbusi. Xalq olamga oshkorlamaslik, dushmanga oshkorlamaslik. Yani bir qarindishimiz yozibdi, masalan, biz ma'lum birisining Xitoyga ishlayotganini bilsak, uni yapsak, bumi to'g'rimi? Emsa deb yozibdi. Buning bir javob bersin. Buni Xitoyga ishlayotganligini bilse, mesela Xitoyga ishlaydi ekan, yushurun ishlaydi ekan. Mesela, unda bo'lganda buni ras shuning isbotini isbotlab olsa, fatabayyanu degan hozircha deb turgan shuni. Bir sizlarga bir xabar kelsa, isbotlanglar. Bayonini qo'lga tushiringlar, ya'ni hujjatini, paketni qo'lga tushiringlar degani, qo'lga tushsa paket, ras shu falani qassob yo pistani oshpaz yo pistani navoy shundoqkan Xitoyga ishlaydi ekan deganning haqiqiy isboti chiqsa, buni o'tirg'a chiqish kerak. Albatta. Buni o'tirg'a chiqish kerak, chunki buni xalq musulmonlar bilmasa, kimlardan Turkistonliklar bilmasa, bilib qolmasa, nurg'un ziyonga uchrab qolishi mumkin. Bu az ziyondan saqlanish uchun buni xalq olamiga bildirish kerak. Ammo ibay deganimiz, mesela Dünya Uyghur Kurultayı, yeni şunu hoşlanan meyli kas teşkilatı olsun, teşkilat hakkında deydiğin gibi olsa, bunu mümkün kadar biri aldı bilen ispatlaş gerek. Rast ispatlap, inik ispat bilen bununki mesele var bir teşkilat ya da mesele var insan ülkelerine oturup çıkan vaxtıda, bunun meselesi nereden nakıça? Bunun hatalıkı, kaysi cihetli hatalık? Bunun karşıda şu şekilde karar çıkarılır. Allah razı olsun. Yani ispatınız barmı deb ularga so'ragan vaqtimizda ko'plar ham isbot keltirilmaydi. Keltirilmagandan biz darhol uningki gapiga shaxsan men ishonmay kelyapman. Ammo xalqimiz hamda buning hammasi emas, bir qismi bunga ishonib ketyapti. Masalan, ma'lum odamning keyindan gap chiqqandan keyin uni isbotlamasdan darhol
uni to'pga yeyish, WhatsApp'larda, Facebook'larda her yerde deb uni sharmanda qilish, isbot yo'q ammo. Isbot yo'q. Bu Muşu nemedin desler karışlar. Muşunda ispatsız, pakitsiz, bunda anlaganlam gepni devrişin o'zi bu nemedin bu? Bu nemedin direkt birdo? Yoki de bunun sebeplari nima deganga nisbatan? Birinci nima jihatdan, sifat jihatdan aytsak, bu shu kishininki oldi bilan diniy e'tiqodining sustligi. Qalbininki imoniy jihatdan ojizligi. Bu savoblik ishdan gunohlik ishlarga yaqinroq ekanligini ko'rsatadi. Yana bir jihatdan aytsak, bu o'sha arabcha biz o'qigan kitoblar arabcha kitoblar. Arabcha kitobdagi mushu masalaga bergan bir ta'birni olsak, bu sifatdan o'tib shaxsiyatga o'tgan vaqtimizda bu qanday bir shaxsiyat bu desa, bu mushunday gaplarni o'tirg'a chiqadigan shaxsiyat bu shaxsiyatun dani'a deydi. Bu bir pastlikning ifodasi bu deydi. Bu bir ko'rsatma, ya'ni kitoblardagi bir tushuntirish bu. Bu xil narsa chunki yaxshi narsa emas. Boshqalarning aybini ichish, boshqalarningki nimasini maxfiyatligini ko'chirish, uni oshkorlab o'tirib yeyishni izlash bu to'g'ri ish emas. Vala tajassus degan oyat bilan. Jasuslik qilmanglar. Bir-biringning o'tirisida aybini ichib, inibishga oshkorlaydigan bunday ishlar qilmanglar. Haqning ishi bilan qolmanglar degan bu oyatga nisbatan bu boshqalarningki nimashga kuydi bo'lash, boshqalarning aybini bilsa, o'tirg'a chiqib yeysa, bunda xursand bo'ladigan maqilib bu normal odamning, bir musulmonning qalbida iymon nuri bor insonning ishi emas, emas yani. Bu chunki nachar ish bu. Bu nachar ish, nachar qalblardan sodir bo'ladigan narsa. Şu Allah hammamizni saqlasin. Allah razı olsun. Mesela o'sha navbatdagi bizning masalamizga kelsak, men bu taqiq qilib turyapman. İsmi nima degan bo'ladi? Hatta mesela xususan kuzatdik uni, surishtirib baktık. Ovozni mutluydigan bo'lib ketdik. Bir men bilaman bir 3-4 adam bor. İsmini demeyle. İsmini demeymiz. 3-4 adam bor. Buna benim için hiç kadar iş kılmaydıgan adamlar bu. Birinci. İş kılmaydıgan adam, iş kılıp bakmagan adamlar. Ama mahsus bu şu WhatsApp yoki Facebook degan bu şu taratqular orqali mahsus boshqalarni ayıplash yoki boshqalarni tanqidlash yoki de boshqalarninki siyosiy aql ko'rinishida masala bor. Bundaq va deyish, mayli ahli ilmning olsun, mayli siyosiyning olsun. Mahsus burada selbi meselelerge kiradigan. Birisini bilan birini so'qashtiradigan. Xuddi o'zi naydi jiddiy bir xizmat qilayotgan bir siyosiyga o'xshaydi. Naydi jiddiy aldirash bir faoliyat qilayotgan bir fidakor insonga o'xshash gap qilib yuradigan bitta odam ekanimda. Alloh shularga insof bersin. Amin. Bu favqulodda xatolik bu. Birinchi dunyoda o'zini xor qiladi. Bu hammani chiqadi. Buning bundan gap taqatib yurgan kishininki ras samimiy xalqidan ansirab, davlatining xizmatidan mustaqillik da'vo xizmatlarininki ayankeşden qolğuş ketishdan ansirab deganmi yoki de Xitoyga ishlaganlik munosabatlar Xitoy tarafidan tarbiyalanib chiqqanlik sababli deganmi? Buning hammasi tarixda o'tirib chiqadi Alloh xolisa. Oydinlashadi bu. Shunga hammamizga shunday kishininki tavsiyamiz bundan aslında bundan yaman qiliqdan, bu yaman odatdan, yaman sifatdan yiroq turish lozim. Bundan saqlash lozim, qalbini paklash lozim. Buni tavsiya qilamiz. Alloh hidoyat qilsin. Allah razı olsun. Yani bu anlıq axırqı sual amma sizmi biraz charchila. Anlaganni isbatlamay turib, derhal onun işinip WhatsApp, Facebook toplarda taqatqan kishininki shariatdagi hukmini Endan qazixandagi hukmini yeydigan darrisi qancha qamchi yeydi yo yemamdi. Nima bo'ladi? Mushuni davetib biz programmani oyoqlashtiraylik. Xo'sh. Hadi bunga kelsak, men bay og'zimga bir ilishim, ikkimiz gap tankib qilib nima qilib qoldik. Xo'sh.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi var. Bu nesli bir eskertkim keledi ama to'xtatishdan burun. Hoş. Sil degan ma'no deyman uning oldida. Kafa bil mer'i kizben bir rivoyatda, yeni bir rivoyatda ismen en yuhaddise bi kulli ma semi'a deydi Resulullah. Adamninki anlagan narsani, ko'rgan narsani taqatishi, deyişe başkalarına yetkizişi bu adamninki günahkar adam ekanligi yetadi deydi. Bir hadisda. Yani bir hadisda aynen bu adamning kazzab ekanligi yetadi deydi. Bir adam bir anlagan narsani yetkizadi ekan, ashuni boshqalarga deydi ekan, so'zlaydi ekan, ay yuhaddisa bi kulli ma sami. Aynen dedi. Anlagan narsani so'z tiqib bakmay, isbotini talab qilmay, izlamay, bunu ispatlamay turib, fakitini qo'lga tushirmay turib, mushunday gapni qilgan odam bu kazzoblikda yetarlik deydi. Buni mushu qiliqning o'zi bu odamning gunohkorligiga yetarlik. Bu odamning kazzob ekanligiga yetarlik isbot degan bir ko'rsatma bu yerda. So'ng buningga hammamiz diqqat qilish lozim. Alloh saqlasin. Yana biri eng muhimi yeni bir nokta. Mushunday kerak emas gap qilishdan saqlanishninki qanchalik muhimlik ekanligining yana bir eng oxirgi bir so'z ham. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Aqaba bay'atida bir mashhur bay'at var edi. İslam tariximizda. Medine'den kelgan musulmonlar, musulmon bo'lib kelgan, bular ikkinchi qatim biroz ovib kelib, Resulullahni olib ketish qarorini dedi. Biz sizni olib ketamiz, yurtda sizlarga joy beramiz, biz qo'g'daymiz sizni. Deb rasmiy bir suhbat bo'ldi. Shu chaqda bay'at beradigan vaqtida Resulullah bularga qanday bay'at berishni degan chaqda ko'rsatma bergan vaqtida degan bir gap bor. Shu yerdimi birinchi sizlar nima qilmaslar? Allohga shirk keltirmaysizlar deydi. Allohga shirk keltirmaysizlar. O'g'irlik qilmaysizlar, zina qilmaysizlar deb turib wala ta'tu bi buhtanin tabtarunahu bayna aydikum wa arjulikum. Buni chatarliqni qalab oldinga qalab o'tirib lekinde kompüterlarga yoki telefonlarga qalab o'tiriblar, o'zingni chaqlab, bunda kerak emas, bunda nimalarni, tuhmatlarni to'qib o'tirga chiqolmaysizlar. Tuhmat to'qimaysizlar. Ya'ni yo'q ishni o'tirga baqilib chiqmaysizlar. Bir adam qilmagan ishni onda qilibdi, bunda qilibdi degan bunday gapni qilmaysizlar. Mushuni biz bunda qilmaymiz. Bo'hton, tuhmat mushunday narsalardan boshqalarni qaralash, boshqalarga qarchaplashdan iborat. Mushunday narsalardan biz uzil-kesil uzlimiz, yiroq turimiz deb bay'at berishlamanga. Degan bir talabni qo'ygan Rasululloh. Bular shunday bay'at bergan. Bunu bu şeriatte mushu darajada qanday muhim tutilgan bir masala. Xo'sh, endi siz degan masalaga kelsak, endi buningki bir odam ayda bo'hton qildi, birisini qaraladi, bunda kerak emas ushurlarni, ma'lumotlarni, xabarlarni taqatdi, isbotlamay turib, oydinlashtirmay turib, shunday qilgan odamni ko'rganda ya bilganda buni tortib kelib qozixonaga olib borganda qanday ekin chiqadi degan masala. Bu şeriatte bazı meselelerge, bir qator meselelerge had bekitilgan. Manın haddi manchilik, o'ltirish, yoki tosh kesak qilish, yoki qamchilash, daralash, yoki kesish bir yerini degandek bundaq bir chek chegara belgilangan jazoninki. Bazı meselelerge, bazı jinoyatlarga u bekitilmagan. O bekitilmaganlarning mesela shuning o'zimi shuning yotadi. Muşu behtan, muşu qaralash, kerak emas usul taqitish, anlaganning hammini da berishning o'zi buning jazosi nima desa ta'zir. Dunyoda qiyomat kuni sahobaydiq, azabun alim. Agar davomlashaversa Allohning hidoyatidan mahrum qilish, hidoyatdan iborat, imondan iborat, to'g'ri yo'lda yashashdan iborat, bu ne'matdan mahrum qilishdan iborat ma'naviy jazolar, azoblar bo'ladi. Bundan boshqa ta'zir beriladi bularga. O ta'zir shu chaqninki va shu kishininki qilgan ash fitna fasadlarininki nimasi bilan bo'ladi endi. Mushu hozirgi birla masalaga javob olay. Bir narsani bilmay, aniqlamay turib, mushu Facebook, WhatsApp'larda taqitishning hukmini. Ya'ni
Vaqtimiz, Birinci, chunki vaqtimiz bir yer berib qoldi. Şeriatın aldı bilen hükmü nima degenge haram. Hı. Haramni sodir qilgan odamninki jazosi qiyomat kunisi Allohning huzurida bo'ladi. Hı hı. Buning ba'zisiniki jazosi dunyoda beriladi. Dunyoda beriladi, shuning bilan tugaydi. Hı. Dunyoda mana ishiniki mandaq jazosi bor degan bo'lsa, shu jazoni bersa tugaydi. Ba'zisining dunyoda berilmaydi, dunyoda mandaq jazo beriladi deb bekitilmaganlarining jazosi qiyomat kunisiga qoldiriladi. Yani bunun dünyada muşu meseleye nispeten dünyada beriladigan narsa nima desa ta'zir. Yani bunu edepleş, cezalaş. O muqim mandaq deb emas, bunu şu qilmishiga qarta, şu qilgan qilmishining fitna basa taqatib yegan fitna basadanki zini ve onunki akıbeti neticesiga qarta bo'ladi. Ba'zisiga chiroyli gap bilan edepleş bo'ladi, nimada qilasiz deb tarbiya ishlash bo'ladi. Ba'zisiga qattiq so'zli bilan edepleş bo'ladi, ogohlantirish beriladi. Ba'zisiga ba'zisini ig'ir ishqi selish orqali edeplanadi. Ba'zisini ma'lum yerdan olib o'tish orqali bu yerga palash deganga o'xshagan ishlar bilan jazo beriladi. Ba'zisini o'lmigiday bir yerlari sinmaydigan bir şekilde ama qattiq urush bilan jazolanadi. Bu Yani onun ahiretteki cezası Allah tarafından, yani haramını işlegenin cezası verilse dünyada mı? Evet. Bu Bununki bir... qattiq qilmishiga qarta bu şekilde edeplanadi, jazo beriladi. Hoş, unda olganda bundan keyin qarindoshlarimiz bu Facebook, WhatsApp'larda o'rinsiz, isbotsiz, tuhmat, yolg'on narsalarni shu ko'nikkan besiplam taqitishning o'zi tayoq jazosining borligini shariat bo'lib qolib qolsa, buni deb birimiz, undan keyin Allohning oldidami haromni ishlaganlikninki jazosi, gunohkorlikning jazosi borligini uni deb birimiz. Xo'sh, abayq savollarning javobini unutib qoldik. Ya'ni bir odam mening qishimga yoki sizning qishlariga yoki birisining qishiga bir yolg'onni deb kelgan bo'lsa, uning isboti bo'lmasa, men uni yoki u kishi uni qozining qishiga berib, "Ma adam bu yolg'on bir gapdan bizga kelib, menga deyatdi, isbot yo'q" deb apasak buni nima deydi? Qozi. Sayıqı gap şu qazının tarafından çıkarılgan hüküm şu. Ta'zir oldu. Ta'zir bu Arapçadaki bir tal söz. Ama bu bir tal işini göstermeydi. Şu qazı şu şahını sürüştü kılıdı. İğir yengillikka qaraydı. İğir yengillikka qarab, emisi mao ya palansın mançak, ya ki de mançak urulsun, bu mançı dara emas. Bir münasip şekilde emdi. Ya ki de mançukun mandaq işqıson degen qo'xshagan. Yoki de qattiq gaplar bilan tanqidlash o'sha ishning darajasiga va o ishninki salmoqi ziynining darajasiga qarab bo'ladi. Allah razı olsun. Rahmat. Yani bugungi darsimizning oxirida ketib qo'ydigan so'zlarni olaman. Undan keyin programmani tugataylik. Yani bu darsimizningki umumiy bir xulosasini qisqacha. Rahmat. Bu endi ma dars bo'lganligi uchun bu sohbet karakterdeki ders. Yani başka kardeşlerimizle sohbet desek mi bo'ladi? Dini jihatdan beradigan bir ma'lumot, diniy ma'lumot, ko'rsatma, yo'l yo'riq. Unda bo'lganligi uchun har qanday bir masala o'tirib qo'yilgan ekan yoki savol so'ralgan ekan, buning shar'iy jihatdan yuritmasi, buning bayoni berilishi lozim. Buning uchun ba'zi bayonlarni beramiz. Yani şu oyat hadisninki shariatning ko'rsatmasini o'tirib qo'yamiz. Yani bu bazılarının faydasına çıkışı mümkün, bazılarının ziynine çıkışı mümkün. Bazıları bir xil reaksiya verişi mümkün. Bu ma'lum bir şəxsini ağırtı biliş, yoki de ma'lum bir şəxsga qarata bilish uchun bo'ladigan narsa emas. Bu umumiy xalqimizga shu savolning javobini yetkazish, shariatdan bo'lgan ko'rsatmasini berish. Unda bo'lganligi uchun bunu anlap tuğan, körep tuğan ve bununki kuruduğan barlık kardeşlerimizninki doğru düşünüşünü ve bununki bir şer'i bir umumi bir gap işgalliğini bu şekilde umumi bir körsetme şekilde düşünüşünü tavsiye kılmaz, ümit kılmaz. Allah razı olsun, rahmet. Ahirde Allah'a bir ketip koyduğun sözler bulmasa söhbetim şeyde ayaklaştırsak değil mi? İnşallah. Rahmet. İnşallah kelgüsü zamanlarda devamlılık dini programlarını qilib turamiz. Yani sizlarni ikramda ko'rishni arzu qilamiz inşallah.
Bugün nəhayət İnşallah. yaxşı bir söhbət oldu. Mishad yəni kiçikkin bir narsa qısturib etsəm, yaman narsani taqatsa WhatsApplarda, Facebooklarda, uning jazosi ta'ziri borligini dila. Biz Uyg'urcha ta'riz deymiz masalan, bizning ota-bobolarimizning ba'zi bu so'zlarni qo'llangan. Ya'ni tayoq jazosi aslida manda qilib aytgan vaqtda Allohning oldida harom ishlanganlikdan iborat bir jinoyatning borligini deb o'tib ketgan bo'ldik. Endi bir yaxshi narsani, bir tabliğni, bir go'zallikni, bir bilimni Facebook, WhatsApp'larda taqatsa buning savobi nima? Buningga bir qisqa javob elib o'tay. Uningdan keyin programmani taqaylik. Xo'sh, buning o'zi masalan da'vat qilishga biz shar'iy jihatdan burluqliq. Val takum minkum ummatun yad'una ila al-khayr. Qisqartib desak. Sizning ichingizdan bir to'p kishilar bo'lsin, bir jamoa kishilar bo'lsinki, bular boshqalarni yaxshilikqa, to'g'riga, haqqa da'vat qilsin, chaqirsin, boshqalarga haqni ko'rsatsin. Mushuni o'zimning vazifasi deydigan bir turlik odamlar bo'lsin degan bir buyruq. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamningki ballighu anni walau aya. Mendan bir tal hadis olsunmi, bir tal ko'rsatma ma'lumot olsun yetkazinglar degan buyruqqa ko'rsatmasi. Buning asosan deyishni biladiganlar var. Sözleşni biladigan, ya'ni hadis oyat shariatni biladiganlar var. Buni so'zlab yetkazadi. Yani bunu boshqalar anglagandan keyin anglab biladi va uni mushahazir vositalardan taqib orqali yetkazadi. Bu hammasiga qaratiladi bu. Kim shuni anglagan bo'lsa bir savob, anglagandan keyin buni taqatgan bo'lsa, bu o'xshash da'vatning ajrini oladi. Osh da'vatning ajriga sheriklashadi. Allah razı olsun. Bunun bu ajri kamaymay hasilab qo'shilib mangadi keyin. Allah razı olsun. Rahmet. Bugün bizning so'hbatimiz mishada oyoqlashsa, o'zlari ko'p rahmat aytaman. Allah razı olsun. Rahmat, Allah razı olsun. Rahmet. Aziz qarindoshlar, bugun Ali Akbar Damollojim bilan so'hbatimiz mishada oyoqlashdi. Inshaalloh kelgusi zamonlarda yana diniy so'hbatlarni olib borsak bo'ladi. Tövəndə hava rayidi məlumat bilan bugungi programmamiz oyoqlashadi. Hammanglarning programmamizni yaxshi ko'rganinglarga rahmat. Yana bir qatimliq haftalik muhim xabarlar programmamizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga emanet. Assalomu alaykum. Aziz ko'ruvchilar, hozir o'zingizlarga vatanimiz Sharq Turkistonning har qaysi viloyat shaharlarining taxminiy havo rayidan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq, tuvan temperatura 8 dan yuqori temperatura 19 Selsiya gradusgacha. Sanjida havo ochiq, tuvan temperatura 5 dan yuqori temperatura 22 Selsiya gradusgacha. Taşiriqda havo ochiq, tuvan temperatura 6 dan yuqori temperatura 22 Selsiya gradusgacha. Korluda havo ochiq, tuvan temperatura 9 dan yuqori temperatura 22 Selsiya gradusgacha. Bulcida havo ochiq, tuvan temperatura 6 dan yuqori temperatura 27 Selsiya gradusgacha. Qarmayda havo ochiq, tuvan temperatura 8 dan yuqori temperatura 20 Selsiya gradusgacha. Börtalada havo ochiq, tuvan temperatura 6 dan yuqori temperatura 19 Selsiya gradusgacha. Turpanda havo ochiq, tuvan temperatura 13 dan yuqori temperatura 27 Selsiya gradusgacha. Cho'chakda havo ochiq, tuvan temperatura 6 dan yuqori temperatura 23 Selsiya gradusgacha. Altayda havo ochiq, ba'zi bulutli, tuvan temperatura 4 dan yuqori temperatura 20 Selsiya gradusgacha. Qumulda havo ochiq, tuvan temperatura 5 dan yuqori temperatura 22 Selsiya gradusgacha. Aqsuda havo ochiq, ba'zi bulutli, tuvan temperatura 9 dan yuqori temperatura 21 Selsiya gradusgacha. Qashqarda havo ochiq, tuvan temperatura 12 dan yuqori temperatura 24 Selsiya gradusgacha to'p yog'di. Atishda
Hava uçuq, bazı bulutluq. Töven temperatur 11'den yuqur temperatura 23 Selsiya gradusgacha. Xotanda hava uçuq. Töven temperatur 13'den yuqur temperatura 22 Selsiya gradusgacha. To'pi yağıdı. Tumshuqda hava uçuq. Töven temperatur 10'dan yuqur temperatura 23 Selsiya gradusgacha. To'pi yağıdı. Aziz görürmenler, hazır vatanimiz Şarkı Türkistan'ın ve qaysi vilayet şehirlerinin taxmini hava rayından ma'lumot aldinglar. Kelar qitim ko'rishgacha aman bo'linglar, xayr xo'sh. Oygan Abduxaliq Uyg'ur she'ri. Ey pekir Uyg'ur oygan, uyqung yeter. Sende mal yok, emni kesse can keter. Bu ölümdün özüngni qutqazmasan, ah senin halın xatar, halın xatar. Hop dedim, beşin köter, uyqungni aç. Rakibin beşini kes, kanını çaç. Köz içip etrafqa obdan bakmasan, ölüsen armanda bir gün yok ilaç. Helimo cansızga o'xshaydi tening. Şoňa yo'qmi ancha ölümdün g'eming. Qichqarsam qimirlamayli yatsan. Oyg'onmay o'lmoqchimisan shu peting. Ko'zingni yo'g'an ichib atrofga boq. Öz iqboling haqida o'yla uzoq. Kes qoldin bu g'animat fursati. Kelajak işin çatak, işin çatak. İçiner könglim sana ey Uyg'urum. Sabdişim, qerindişim, bir tuqqunum. Köyünüp halingga o'yg'atsam seni. Anlamaysan, zada nima bo'lganing. Keladi bir kun pushaymon qilasan. Taktiga gapning shu chaqda yetsan. Hab desen uçağı ölgürmey kalır. Şunda Uygur sözüge ten berisen. 1920 yılı